file'dan başlasak, sizge bir PDF evet getdim. Şu yerden düşeyle onlarsa. İddialar bekçip. Şu işi tez mamsak tügütenmeyimiz. WhatsApp'ның nimeleri kaynap kütüp. Ondan sonra bir şey dediniz de aramımızda buzgan, bizni çalkan doğan dep. Suçu, toxtam su sesip kalıyorlar. Silkilinip gerek. Silkilinip dursa pakiz durur. Жаңа suya okşar. Çaykanıp dursun gerek. Şunun için bu yüzü bilen astı almışıp ançumunca çalkınıp doğunu pakiz tutuyor cemiyet. Cemiyette cemiyet sesip kötü için. Şuna çalkınıp doğanımız yaxşı ameliyatda. Şu birinci bitiden başlandık. Şu atmakla etkili. Müşahedin başlayalım. Ondan sonra bugün asasen 4 noktada nim kılmaz. İddialara kelgen inkaslara cevap verimiz. Bunun birincisi düşken inkaslar ve iddialar. Yani imza toplaş herkesinin başlagandan keyin düşken gaplarning, iddialarning hammasini yig'dik. Bunga bir cevap berip ötimiz. Ameliyatda bu bek yaxşı. Bir tarafdan iddia çıksa onunla biz cevap verip ama bizden çıkan iddiaga cevap gelmeydi gayşvaçu. Bunun için ameliyatta ilip bär buluş gerek de biz taraftan çıkkanга ular cevap, karşı taraftan çıkkanга biz cevap verip min işimiz gerek. Aldı bilen düşken iddialara bir karayımız. Onun için Avustralya'dan iddialar çıktı. Avustralya'daki iddialara cevap verimiz. Andaki bizning iddialarımızda hatırladı ben kayıtıdan. Onun ahırsı da imza toplaş hareketinin ahvalı doğruluk qeyrindaşlarga bir update. Yani uçurlarını yetkizme. Şuna birinci düşke iddiaga ötsek, keyinki betke tez mağayla aldı da çünkü bekçi gap var. Hoş, birinci iddia imza toplaş hareketi yağlagan. Yan bir iddia düştü. Kanada'daki Güley Mahsud ismida asli ismini mi? Hataydı. Hürmet Han. Qeyrindishimizdan ki YouTube nimasiga chiqargan, Facebook'dan asli manbasi degan bir yerdan olgan. Ya'ni bu imza to'plash harakati avtomatik kelib dalillashtiramiz shu tushgan imzolarning qaysi rost, qaysi yolg'on degan. Şu an bu yerda nima ish bo'lgan deganda, bu yerda shu videoni tatgan qeyrindishimiz o'zi 13 tane yolg'on hisoblatgan. O videoni tatib bo'lgandan keyin uni to'xtatgan. Yani bunda bir videonu çıkarıştım burun bu hürmet kan qeyrindishimiz bir narsani tushunish kerak. Nima uchun bu torbetga videonu tatgan qeyrindishimiz tatgan vaqtida unda avtomatik o'rlaydi. Boshqa odamlar qargan vaqtida unda o'rlamaydi u. Shuning uchun ma'lum iddia yolg'on bu shuni tatgan qeyrindishimizning o'zining o'yiniga o'yini. Bunun cevabı tüydü. Keyinki bet köteydi. Özü şununda sınap bakkan boğulması mümkün ha? Anı yalğanğı çıkırış üçün öz aşında likil tutup video tatıyla bu imza yağan diyen bir karlaş urunuşu hem de əzən o yollarca. Çünkü hem adamı torğu qarğa vaxtıda aşda tez örülüş gerek eğer o rast olsa. Fakat o video tatqa vaxtıda yağan da örleydi. Çünkü biz tizimlikini körəleyimiz. Biz görgen tizimlikte en qısqarlıqda avtomatik etilğan imza 13. Bunun başkası yok. Şun keyinki betküsek, sel tez mağayla Ahmetcan çünkü nesi bekçik ama bir şekillerge tez bildi. Onun için bazı qeyrindaşlar deydi, meni seni mala bilen bir grup tizipdi. Mala bilen bir yeg ekepdi. Bunun sen qanda qaraysa deganlar bo'ldi. Biroq opchivoyli javob beray dedim. Ya'ni meni kim bilan nega tizishi muhim emas. Faqat mening biladiganim tarix o'zini Beijing degan faşist Xitoy bilan bir yerga tizganlarni tarix unutmaydi. Mening javobim bu. Keyingi bet ko'rsak. Bizning Şavfu demokratiya bugün ötüptü Amerikada. Bu yaxşı ilgirlash, ya'ni Fushishoning shogirdi bizning Şavfu marasini chiqaribdi. Buni menga o'qish uchun.
Bu demokratik ilgirleş bucu. Çünkü bu yerde kapıldığın nesi yok. Demokratiya diye şunda nesi. Bir taraf bir nesini çıkarsa şu resimlerle, başka neslerle bana da nesi. Ama yani fuşuşunu bu ne o şavfunu fuşuşudan emas demokratiyani bizden ügünüşkü çakırmayan. Bizde demokratiya var. Bu millet Xitaylarda demokratiya yokçu. Ama marasimde bir kamqa gayri butxallar görüp resim uçuduğun bu satvanı koşu etse tam toluk buludu. Lekin koşuldum demokratik şekilde cevap kaytırışını öğrengendim. Bu da akıbet görsek. Hoş kileyli indigenous people dokulatını Xitaylar təminlegen buluşu mümkün degen iddiadan olduk. Endi bu yerga amaliyatı doğru cevap verip olduk. Yani bir rekord için cevap verip koyay. Hatırız keliş için. Yani erken sıdık efendimge Xitayning ta'minlamay turib, o'sha Xitoyning ichidan ayolchi uchurlarni alalaydi. Bizga Xitoy ta'minlamasa, biz Dunyoviy Uyg'ur qurultayining o'zining to'rbitidagi dokladni ololmadik, topolmadik. Yani bu ko'rinish Dunyoviy Uyg'ur qurultayining to'rbitidagi Indigenous People dokladi. Shuning uchun bu iddiog'im javob bo'lsin. Endi budaqisi o'tsak. Hazır şu Indigenous People meselesinde Türkiye'de mandak gap çıkıyorduktu. Bu Xitayning qo'li var bu ishda deb. Qarindoshlar bu Indigenous People degan narsada qilib qo'yishda, ya'ni bizni Indigenous qilib qo'yishda Xitoyning qo'li bormi yoki bu narsaning oshkorlanib chiqishida Xitoyning qo'li bormi? Ana sol tarafidagisi Tashkilotlar Birligining bergan biz Indigenous People emas degan dokladi, ya'ni bayonoti. O'ng tarafdagisi Zulqin İsa Efendimning bu ishda Xitoyning qo'li bor desa, o'sh qizil chambarni yiqillatsangiz, Ahmedcan. Yani bu başını qanday tushunimiz endi. Yani bir tarafdan sizlar Indigenous People emas deysizlar, bir tarafdan bu Indigenous People deganda biz bilmaymiz. Bu Xitoyning o'yini deb buni qilib qo'ygan odamlar so'zlasa, bu başını qanday tushunamiz? Yani bu başını bir tengi qilib, mayqaga samimiyatsizlik, ayqaga ko'tamchilik deb yezib, tengi yasab, xotira tengiz qilib taqirchilikqa ega keldi qanda. Shuning uchun Türkiye'deki qarindoshlar Indigenous People meselesinin Xitayning qo'li yo'q bu ishda. Hidayatullah Hacimning beshi var yani. Bunun başka tushuntirilishi yo'q yani. Shunga Türkiye'de bu narsa Xitayning qo'li var deb chiqayotgan so'zning hammasining nereden chiqayotganini bilinglar ve diqqat qilinglar. Yani samimiyatsizlikdan chiqayotgan gaplar. Bu bir yığız gapingiz meni diqqatim çekti. Yani bu Indigenous alaqadar faaliyet, hareket yoki shuning tizimi oldirib qo'yishda Xitoyning qo'li bormi? Oshkorlanishidimi degan so'z. Qaysini qo'li var? Yani qayta China yurishning ojizi yo'q, har kim o'zi hazm qilsa bo'ldi ekan, ammo bir urg'ulab qo'ydim yani. Xo'sh, keyingisi. Xo'sh, endi Avstraliyadagi iddialar keleyli. Bu Avstraliyadagi iddialardan birisi Dilzat efendim bilan bo'ldi. Ben sizga 3 tane ovoz bir video avatdim. 5'deki 2 ovozni qo'ygan bo'lsangiz, Avstraliyadan chiqqan iddiani xalq bir anglasa. Kömeğini aldı, kömeğini koyma bu medyalarını. Köydendeki adam sözlük skildi ki, bazı sözler adam kaynap üzerine iradesi hılamış koydu ki. Bu biz Uygurlarının bir kamçılığımız var. Çoğu bende Uygurlu emezmiş Türkiye halklarda köprek olsa gerek bende bu Uygur milleti alaydır hakkında. Özümüz bir işlerini koltuk hep azrak bir tırışıp tekşürmeyimiz çok. Eğizaki gap şunçılık amırak ki biz avazı bula sözlep koyduk.
Kalk çaynap koyganını şümürümüz, şunun bilenle bir karar alımız. Endi bu 60 betlik, 50 betlik bir doklat olsa, bu da şunun bir 10-15 betlikini okup bakayım. Mındarincini okup bakayım dep tayya çıkırken soğan diken. Okup bakıp hazır Google tercüman baş, tercüm kılgız bakıp tayya tercüman baş. Nasıl diken imini bisip durupla kesiyoruz tercüm kılgızsa karkanda yerin tercüm kıpırdı. Onun su gibi Google mu hazır tercümü görüsü yakşı olup gitip de burun yakşı emez değil. Çıkkanda hazır şunda yakşı toluk tercüm kekeli. Hem şunda imkaniyet batılsa şunda kınmay. Bu uzun doklatımızdaki bir şeyini sızıp koyup, onun bir şeyini imgep var, ahir imgep var. Ama o tırını yapıla o tökmet atılgan gibi. Hem de bu birisiga kusur tepeş yoki bo'lmasa undan bir tökmet atish oson çok. Uni har ham birimiz o'rgatib qolamaymiz. Lekin chiqayotgan odam, to'g'ri chiqayotgan odam qayta-qaytalab o'zining to'g'ri chiqayotganligini tushuntirish bu yig'ir keldi bu. Özü, mesela yukarıda birisini dep koydum amaz baynakını. Özü bir vet üstüratkan devlet işlemge arlaşmaydıgan, halıktan zat geçip şügen üstüratkan şeherdeki hiç bir paliyetke arlaşmaydıgan birisi. Şu karanlık kirelip hiyali dünyasında bir nömlerini yasap çıkıp ma'lum bir maksatlarda bir tökmetlerini kısa halık şunun bazarlık olup geçişi halıktan ağırmaya malımız yok. Hakikaten ben şahsen bu halıktan resmi ağırına mecmu. Bəddirden ziyad nadan. Nadan boğandı bu bizning ziyolilerimiz bu nadan de adamlar aklı. Ziyoli deganligini bir üniversitet okuganlar o. Özleri izlenmeydi. Özleri bir izinip bakay. Bu kandan eski dep. Mesela şu indigenisinin gibi çıkan vaxtıda Kılıçtım burun açıkken izlenip görüp baktım ben bu demem. Çünkü ben bu doğruluk bilmeyim. Hazır bilip geçişim pek çok kuramaz. Lekin herhalde izlendim. İzlenip görüp oy bundaki mağayad maqtayla turuyotgan vaqtga. Ma vaqtida bunday gaplar chiqdi. Bu vaqtdagi vaziyat qanday? Bunda bir adam kam dairda o'ylagan vaqtimizda, andikin aztulni tekshirgan vaqtimizda o'zimiz bir hiç bo'lmaganda bir 50% qarorni o'zimiz chiqara olamiz. Qolgan 50%ni u yerdan olgan gaplarimiz orqali qarorlashtira olamizda. Şu vaqtda bir to'g'riroq bir yakun chiqaramiz. Hech nima deyishdim-yo, yolg'on gap qilib, voy Allah, mustaqilligimiz ketibdi. Voy, endi mustaqil bo'la olmaydi ekanmiz deb yig'lab ketganligini imdigilikdayman-da, to'g'ri qildim bu. Oho, yey. Resmi bir kum kazıken şumas. Hazır şu mevcut teşkilat to'g'riliq vorga qilib aslini tusha o'rnini bizga da'vat qilib mushu tashkilotlar ish qilayotgan vaqtlarda bular tanqidlagan shu tashkilot magapni indigenous dedi, avtonomiya dedi, u bu deb shu vaqtlarda shu vatanga berib kelib жүрganlar xotirjam. Aşı vatandagi pulimni akavassam, vatandagi uyimni setib akavassam, vatanda qurol joylarimiz bordi. Shuni setib akavasak bo'ladi yoki men aralashsam bo'lmaydi bu ish hozir deb menga bevos degan odamlar boshida. Agar vaqt kelganda men hammasini oshkorlasam bo'ldi bu o'tirib chiqib bu qanday degan gap. Shu vaqtlarda ukam bu da'voga ker aqlli ekansa, azroq bir ish qilsammi uyda yetiveme, bu oturup çıkkın diye aka benim pulum var, bu uyumuzun bunda mülkümüz var diye akamıza koymaydı, ben şunu aldığı çıkamayım dep müşktek boyuyla bazır kopup poroktan oturup çıkıpla bunda düşmanlıkların taktışı, halıkını birbirine salime deyişi. Eğer muşunun silinsak, eğer muş oyunga biz mengü müstakillanmayız isimler dostum. Muşunçılık küçükten bir ötkelini ötemizsak, biz chiqayotgan real emgak bilan xalqqa javob berayotgan odamni quruq gap qilib sotchi bo'lgan odamlardan aranmay hozirgacha oqqarni farq qilolmasak bu davlatni biz mangu mustaqil qilolmaymiz. Biz har bir mustaqillik uchun har bir qadamni real amaliy strategiyalik qadam bosmaydigan bo'lsak mangu mustaqil bo'lolmaymiz. Uyda o'tirib shuvart olash bilan mustaqil bo'lolmaymiz. Her bir planımız real buluş gerek. Her bir kadem real, ameli kademler bile meniş gerek. Şu vaxtıda müstakillik ümit payda buldu, real, ameli buldu. Müşünçülük işlerini bilmeyi turupla, müstakillik, müstakillik demedi, ma depti, bu. Nemi degen bir çakçak mı, bu bir... Yani bir yerden Dolkun İsa Efendim'e bir
nimem var? Nima? Konuşturuşum demdim. Yani Dulkay Efendim Şarkı Türkistanlıklarını Şarkı Türkistan'ı müstakil kılalık adamның putunu jup koyman degende Avustralyada bir mutaxassis var ki. Ya putunu jup koysa qanday amaliy qadamlar bilan strategik qadamlar bilan qanday mustaqil qilishni bildiği adamdan birisi var ki yani. Yani bu yerde bulungan narsa birincisiga zaten cevapını Dolqun Efendim özü berip oldu yani. To'g'ri ish qilayotganlar chiqib o'zini nim qilish indigenous people'larni bilmeydi ki bunu izlenip okup baksı bildim. Dolkay Efendim bu iş hata oldu dedi tüydi. Onun cevabını özü verdi. Endi ma'u nimning sol tarafdagi ma yeşildan başlasanız hozirgi gap qilingandan keyin bu Avstraliyadagi bir qeyrinishimizdan men yo'q bir Avstraliyada topdi degan gaplar yozilganlar. Bu gaplar chiqqandan keyin men bir mesaj yazdım. Sol taraftaki yeşil tahtadikisiga apasınız üstüdikisi. Ben o yerde dedim ki yani toptu meni yo'q deb ayağı canlanıp ketib puanı sal yuqaroq ketib qolsa endi javob berish manga tushdi jumo yani javobini men beraman jumo sana ekranda desam astidagisiga qarasangiz nimaga po aytibdimi deydi yani po atdi deganing nimaga rost gapni po demsa Melbourne'ga barayman yani Melbourne degan men turayotgan shahar ko'rishib paranglashamiz yo'q desang Avstraliyadagi bir WhatsApp gruppiga tanla shuningda paranglashaylik debdikan men ostiga yozdim men javobingni bermay yani ekranda bermay anadan keyin Melbourne'ga kel dedim desam unga o'ng tarafiga o'tsangiz sen javobni menga emas xalqqa bersa dedi mazbaynak har bir yolg'onlaringning javobini bersan deydi uning ostida qora niyat munofiq seni chet eldagilar bilmay ergishyotidi yani meni qora niyat munofiq degandan keyin yani og'zini buzgandan keyin og'zini buzsa qanday bo'lganini ko'rdi va ishini men bundan keyin og'zini buzmaydigan bo'ldim endi abiyamqi deyilgan iddaolarning hammasiga ig'izcha deyilgan narsalarning hammasiga men ayrim ayrim javob bermay ammo bu yerda tugimidi menga og'zini buzgandan keyin men buning javobini bergandan keyin keyingi betga o'tsangiz bu qerinishimiz nima ish qildi desangiz keyingi betga o'ting Ürümçi Seynasi degan bir xalqaro WhatsApp to'piga kirib yezishga boshladi bu qerinishimiz yani u yerda deydi ki dunyoga uchiq taqtildigan ekranda Allah belasini versin deb qag'ayli yuziga tüküreyli jinoiy sotqa tortayli yani meni tillash uchun xalqaro qo'shin yig'yapti bu yerda odamlarga deb buni tam tillayli nim qilayli deb o'ng tarafida bor yana bir muncha yezishgan narsalar var ama bu topda bizning Sharq Turkiston yoshlar qurultayining a'zolari bo'lg'achqa ular u yerda buning javob beramiz deb gap talashishlar bo'ldi uning kendidan eng oxirsida bu shunday tugamaydigan yezlayvergandan keyin uchinchi ovozni qo'ysangiz bir nimamiz qerindishimiz u yerdagi talash tortishga ba'zi kuchlar va dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilolmaydi deganni bozorga silib dunyo Abay oldida qo'yvagan ovozimiz uchinchi ovoz videomiz Qo'yay. Shu to'xtab qoldi Rasmiy bir qum qazgan shumasa qum qotsa ma o'rimshib buni o'rimdamaydigan sam tasdiqlaydigan ekan sasanma xotin kishni mitagi pontunike o qanda musulmonlar bir shahardikensizlar aloqan kelsa endi bu o'rimchidan bu sandak bir akishni bunda bir g'ayvat qolpishdan qo'yadib oz chiqdi rasmiy bir chiqga qo'yatmay jab adam ekansa va nima bo'pti nereden chiqsa chiqmamdi qanday adam bo'lsa xalqning shaxsiyatiga tegmay o'zing shu bir davlat ekansa gapimdan udiliq qilsang bo'lmadi deyman bunda betib xalqni aylanishqicha bir inson evini ochsak Allah şu insanı ben evin içinde depti bo'pti nereden bo'z chiqsin chet elda yurayverib hammamiz neremizni ketib boramiz
vatanda bo'lgan ishlarni ko'raverib, Bo'ldi endi dana. Ya bu uşaq ovoz keyin o'chirib etdim deb boshqa narsa o'chiryapman. Bunun aloqador izohat bormi deya. Tamam. Yani azıcık qeyrinishimizdan gepi bilan bu Ürümçi Saynasi topuda bayatın Avustraliyadagi qeyrinishimizdan meni xalqarалық ekranlarda tillaydiganga askar to'plash urinishi abiyanqi qeyrinishimizdan bayatınqi gepi bilan mag'lub bo'ladi va tugaydi. Şunun bilan, yani ma Avustraliyadagi qeyrindoshlarga bo'lgan ishlarning pərdining kayni nimisho'g'ini bir tushuntirib o'tishni to'g'ri ko'rdim. Endi bu hozirgi beshilik iddiani atgan Dilzat efendi bilan men hozircha 6 qitim ko'rishdim. 2018 yılı tanıştık. Yani birinci qitim ko'rishim numarimni boshqa birisidan elib, bana telefon qilibdi, Avustraliyada bir WhatsApp to'pi va shu yerga qo'shib qo'yay deganda bir so'zlashdik. Keyin men Norvegiyadagi baga vaqtimda u Avstraliyadagi to'pdan chiqib kelsam, o to'pga qayta qo'shib qo'yish uchun ikkinchi qitim so'zlashdik. Üçüncü qitim yani navbat bilan davatmayman, jami ko'rishga vaqtimizni davatimi aldık yani bo'lishi mumkin. Yani bir qitim Nuriy Turkal efendimden nima ish avtonomiya olasiz deb savol so'ragan vaqtimizda telefon qilib, mana shu qanday salochilik qilib, o'zidan so'rasanglarmanda nima ish ekranda so'raysizlar degan shaklda aloqalashganda bir ko'rishdik. Undan keyin ulus degan temada nimani bir gap talışış oldu aramızda toptan ki o topta beni çıkarıverdi. O zaten özüm şirketim çıkartken topuydu bu. O vakti bir ayrım sözleştik. Onun dinkin Dünya Uygur Kurultayı'na 2018 yıldaki Ali Kengişi'de halk sayılımı kılış. Yani bu qitim bir halk sayılımı kıldık. Demokratik devlet kuralaydıqanlığımızda ispatladık degen sayılımının teklif layihasini yazgan adam ben. Bunu şu Dilzat efendimge yazıp ben berip 2018 yılı. Halk sayılım kusurunda şu layihani beğendi bir sözleştik. Bunun 6. qitim abiyanqa xat yazışıp bana hakaret qilgandan onun cevap qaytarishda so'zi. Yani bu adamni tanıydıqını 6 qitim ko'rishdik. O topning ichida xuddi mening bütün hayatımni biladigandak so'zlab ketibdi. Amaliyotda 2018 tanishdik ve 6 qitim so'zlashdik jami. Şunun uchun hamda bu efendimning bu birinchi WhatsApp to'pida degan gaplariga, iddaolarga men ayirib chiqdim iddaolarini. Qarsam ba'zi to'plarda taqiq turibdi bu gaplar. Men bunga javob berib o'tishni to'g'ri ko'rdim. Keyingi bet ko'rsangiz, Dilzat efendimdan bana qo'ygan iddaolarini men ayirdim, shuni bir ko'raylik. Yani birinci avazlık hüccetli deydi. Undan keyin Ürümçi Saynasida askar to'plash ishi qamlashmagandan keyin Sydney, Avustraliyadan askar toplayman deb, bu Sydneydan kaskadan birini tepibdi. Hamda Sydneyda kaska deydi onun laqimi shu. Uningga men javob qaytarishim men uchun haqorat. Men Brisbane'dan qovlanib ekanman, inglizcham yetmay immigrationdan qovlanib ekanman, yani zaten o Sydneydagining ishi shu. Şunu onunla cevap qaytarishimni açtık zaten Avustraliya xalqi biladi. Ben hayatımda Brisbane'ga berib bakmadım dedim. Onun keyin Dilzat efendim mening turqimni zanglab qilibdi Mazpaynakda. Buningga mening qaytargan javobim Dilzat efendimning uyida aynak bo'lmasi kerak yani.
Avval özümüzden turkup bir qaraymiz, analikin başkalarını zanlıqlaşıp ötsek buluş üçün. Şunu biz Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı, ma yeni yıllık Dilzat Efendim'e böyle eynek edip soğuk kılışını oluşuatımız. Bunun yılla Facebook'ta iki tane yazımı yazdı yani, iki tane büyük eser yazdı. Bu eserden birincisi Indigenous People'ni men mürekkepleştirip halkını aldattım ende. Mürekkep koyutuptum. Aslında onda mürekkep neyse emas ki. Ondan sonra Dilzat Efendim'in ikramı çıkıp Indigenous People'ni nahayet adli şekilde bir düşündürüp verişini karşı alırız yani. Eğer hata diye geldirim olsa ikramı çıkıp doğru yazarım sözlep verse ne kadar güzel yani. Onun dikin ikinci yazmasını mı Palav'daki iş doğruluk benim gibimge inkas kaytırıp da özü ben teşkilatlarının rehberleriga telefon kılıp alaqlaşıp sordum. Dilyarның Palav doğruluk degen gapleri yalgan. Maşallah. Yani telefon bilen de hemen hesap benim hayatımda mı Sydney'den telefon kılıp sorap bilipti. Palav işini mi telefon yani İğiz yani got yani. Bu yerden birisi nime dese ras, bu yerden birisi nime dese ras. O Palav'nın işi boğa vaxtıda Sydney'de boğa vaxtıda men ne edittim, nimiş kvatattim degen sualını soraş yok özüm. Onun iddiasında hazır cevap verme. Şuna anadaki üçüncü iddiası Dilyarga namayış küçükka ikram içi dava koşu olduysa meni gulcuda aldığım pulum battaka depti men de ben. Aldı bilen mesela ben Melbourne şehrinde değil namayış çıkmasının sebebi şu. Ben o çık davatime emniyeti silahımı çıkmanlar kuruk konsolunu aldırdıklarının namayışının impayısı var. O bir zamanında jıllap çıktık kuruk konsolunu aldığına namayış çıkmaydıgan bulduk. Yani birisi hata energiya sırap kıldığın namayışlar var. Mesela Canberra'ga Avustralya'nın paytaxtıga neçe şehirden berip parlament erki kırgınçılıkını ötküzüdü. Dep onun aldığı verip namayış kılgan namayış mı energiya sırap kıldığın ahmaklarçı namayış. Çünkü siz basınız parlament aldı namayış kısınız ötüp siz bağımsınız ötmeydiğiniz iş var mı? Bu zaten 3-4 şehirden berip namayış kıldı ama Avustralya parlamenti ötküzmedi, red kıvetti. Uygur kırgınçılığı degen. Bugün kilitli namayış kılışın fakat payısı yok da ben çıkmam yok. Taktiksel kılış gerek, doğruya işletiş gerek. Mesela hazır Uygurlarning namayış kılıp chet davada bizning eng to'g'riga ishiltaladigan narsamiz şirketlarning oldiga chiqish. Bunun önümü bek yaxshi bo'ldi. Bundan boshqa quruq konsulning oldiga yana bir yerga og'ish xalqni boshlab berib, avar qilishning hojati yo'q. Namoyishga muxbir kamsa, media kamsa, u namoyishni qilmagan yaxshi, uyda demagan yaxshi. Namoyishning maqsadi zaten kun tartibga kelish, mediaga kelish. Eğer mediaga kamsa, u namoyishning hech qanday foydasi yo'q. Quruq kanayat vaqadiq degan gap. Şunu teşkilatlar televizyon stansiyalarini, gezi jurnallarını uğurlaştıra alırsa namayışçısı bulurdu. Bonus din paydası ondan özümüz gözümüz vakırayımız. Şunun için anadikin ikranı çık ikrandan aldığı çıktıysa hemen gulcuda aldığından pulun batı edepti ben de. Beşi de ikranı çıkan vaxtlarımda bu ikranı ben üzerinden çıkmaslarının sebebi bunu Hüseyin Tecelli efendim yaxşı bilirdi. Bu bizning vaxtimiz to'g'ri vaqtim kelmaydi ekan. Mesela hazır etiga 6'da o'tirib gap vatimi. Etigan sahar 6'da naq maydon ekranga chiqdisa, jiq odamlarning mingisi etiganda to'xtab qoluvchi soat 10dan keyin ishlaydigan minglar bo'ladi. Bu ayıp emas, normal ish. Yani etiga 6'da chiqib ekranga chiqib gap qilinsa, nurvadim gapini topamaslar mumkin. Hüseyin Tecelli efendi bilen biz programı qilgan vaqtlarimizda bizning vaqtimiz 4:30. Bizning vaqtimiz 4'te başlanatdı ve kecha uxlamay şu 2'den başlap tayyorlik o'tirib chiqatdi. Endi etdigan soat 4'te naq maydonga bir chiqib baqsa qarindoshlarimiz. Uni dikin biladi naq maydonda hozir kamerani taqib etib turay jumo deganni. Bo'lib Dilzat efendimni biz ziyorat qilsanglar, Adelaidning vaqti degan 4'te bir ekranga chiqib baqsa memnun bo'lum agar chiqarsa. Endi keyingi bet ko'rsangiz, men yerda bir muhim iddia var.
Yani mening g'uljuda oladigan pulim bormi? Bu narsa nimagami qarasam Amerikadagi ba'zi g'o'tillaydigan qarindoshlarimiz g'o'tilda o'tiribdi. Dilzat efendim bu gapni nereden anlamagan bo'lsa chalanglayapti. Mening g'uljudan oladigan pulim yo'q. Mening opam bilan dadamni, ya'ni uyimizdagi cho'nglar Amerikada hozir 2 milyon dollardan ortiq pulni qo'yayotgan qo'ymichi var. Tamam mı? Bu qo'ymichi hozir Amerikada. Şunun bu sol tarafını yıkılarsanız bana ko'rayotganlar qarindoshlar. Virginia shtatlik Supreme Court'ning, ya'ni yuqori sotning hukmi. Sol tarafdakini yıkıldıktan aş üstüden ana Virginia Supreme Court deb aşını yıkıldıktan yani şeyni. Supreme Court'ning hukmi. Yani bu nimening bilan uydagi cho'nglarning 2 milyon dollardan ortiq pulni qo'yib o'g'rining buningda qo'ymichilik bor deb yaqinda chiqqan hukm. Bu endi Amerikaning sistemasi bo'yicha Uyg'urlar qatnashgan birinchi sot bo'lgan. Bu birinchi sotda bu ikki odamning aloqasi yo'q deb nima chiqqandan keyin, ya'ni birinchi sotda biz uqtirayotgandan keyin Supreme Courtda biz yangdik. Hozir bu o'ng tarafiga o'tsangiz hukmi bor. Ashtam asti. Ya'ni ustida deydi bu bir yilda bir narsani setib aytib berman deb o'zi qo'yib ketibdi bir narsani deb. Hozir bu Fairfax rayonlik sotga qaytib tushgan hukm Supreme Court'dan. Shuning uchun Amerikadagi yolg'on gapni u yerdan anglab o'tildigan qarindoshlar biraz og'zinglarni yumishni bilinglar, chunki sotning hukmi va sizlarning xabaringlar yo'q deb. Ertugün bir defamation bo'lib qolmasin Amerikadami? O deyli tushuntirma defamationning nimaligini. Shuning uchun Amerikada bir qo'ymichi bor. Bizning uydagi cho'nglarning 2 milyon dollardan ortiq pulini qo'ydi ve o g'uljuda alomat oladigan puli voqea degan mish-mish gapning chiqqan yeri bu. Ve qo'limizda Virginia Supreme Court'ning yuqori sotning hukmi bor. Ve bu qo'ymichining hozir siyosiy panohlik tilash, Amerikada qilish hamma ishlari to'g'ritildi. Ve o qo'ymichini hozir Fairfax rayonlik sotga qaytgandan keyin, u yerdagi ish tugagandan keyin yalğız pul muamele ilim berim davası emas, hukmning ustida bor. Fraud, yani qo'ymichilik, jinoiy ishlar nimasi bilan ayblanish ehtimoli yuqori. Shuning uchun Amerikadagi qarindoshlar bilgan bilmagan narsani manda 2 soat so'zlashgandim, menga manda dedi deb tatatlatib so'zlayvermaydi. Biraz isbot bilan gapirishni bilish kerak adamcha. Yani Dilzat efendimning chalang'ligi g'uljuda qo'rarim bor, g'uljuda pulim bor degan gap mana shu gap. Yani Amerikadagi sotning hukmi. Tamam? Bu da akıbet göstermez. Ondan bu Amerikadagi qo'ymichi. Bu nima Fairfax'dagi sotning ishi tugagandan keyin 10 saatlik ovozing bor sening. 10 saatlik ovozingni 1 saatdan 10 qismga bo'lib qo'yib beramiz xalqqa. Buni bil. Ya uning ichida men Xitoyning taxsini ko'targandim. Men Xitoyning taxsiga tushdim. Amerikada men para verib, saqchilarga para verib, advokatga para verib yashayverman, men Xitoy chiqisiga yashayman. Bundan keyin men Allohdan qo'rqmasam, bandidan qo'rqam dema degan gaplar bor-ku, qo'ymichi. Bu xalq hammani anglaydi, aldirma. Azroq vaqt qoldi. Shuning uchun u Amerikadagi ish u, ya'ni oilamizdagi cho'nglarning ishi u. Endi men va Avstraliyadagi qarindoshlar bu Sidneydagi kaskalardan so'rab pek menga qiziqib ketibdi, meni bilishga. Va o'zimni bir tanishtirib qo'ysam bo'ladi deb qoldim. Men 2005-yili Avstraliyaga keldim yil oxiri. 12-oyning 5-kuni, ya'ni men dastlab 2006 desek bo'ldi. Kelgandan keyin men siyosiy panohlik tilab, bu siyosiy panohlik ishlarimiz bitguncha men 2007-yildan ya 2009 qapti 2010-yilgacha Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati, bu jamiyat Adelaide'da New South Wales sho'basi deb bir tashkilot bor, Sidney ashlarning Adelaide tashkilotining New South Wales sho'basi. Bu yerda 4 yil ishladik. 4 yil ishlagan vaqtimda qiziqlari ishida bizning 1,5 yil bizning raisimiz Ahmad Egamberdi efendimdi. Keyingi 2,5 yildagi bizning raisimiz hozir to'rda o'tildigan Dilzat efendimning dadisi
Demiyan efendim. Bizden reisimiz idi. Yani beni biliş için o Sydney'deki ilk-i gaybetini dayak yediğin kaskıladın emez. Yüzünden dadısını sorsa bildi de benim kimliğimni tazottan. Demiyan rahmet akı bilen biz birlikte işleyen iş yerimce. Şunun için o 2009 yıldan 2014 yılgacha 5 yıl ben Avustralya federal hükümetiga tercüman bo'lib ishladim. 2009 yılı bir şeyde bir nimege kirdim. Hemen bir yerde otur mektebine qaytadan o'qiyotgan vaqtimda bir aylanning nima qilishi bilan tonishtirishi bilan oldindan bir shirkatga kirdim. All Graduates deb. Bu shirkatda terjümanlik 3 oydan keyin Avustralya'nın bir federal aşı en tüven başlamışının atallıcığından tartıp parlamentçe, sotqıça emiye kireleydiğen devletinin özünün bir tercümanlık organı var. Test National deydiğen. Şu yerde bana teklif geldi sen meyege kiremseydi. Şunla imtihan berip kirdik bu yege. Birinci şirketninki asan tekiriş. İkinci nemininki Test National'ninki onda asan emesem. Bu yege kirdim. Avustralya'da Test National işleyen 5-6 adam battı deyme şu vaktiler. Ben 5 yıl federal derecelik nimige tercümanlık kıldım. Bu jarayonda yegimi yazıp koydum. Sydney'de 80-90 adamның siyasi panalığının tercümanıyım. Yani bazıları Avustralya'nın başka yerlerde yani toplam Avustralya'da en az da 80-90 adamınkiga tercüman болып çıktım. Siyasi panalığa. Bunun içinde birinci köşmeler idaresi var, ikinci kayıt qarab çıkış mahkemesi var, hatta sotның kegimi çıkan. Onun dikin Avustralya'nın medyası da ötkende ben bir diyendim 16 qitim hüccetli film işlendi. 2018'den 2015 yılda. Şu 16'sından hemmesinden kendiki işlige adam ben. Onun kendinden en az da ballarının atallıcığından tutun, doktorxanadan tutun, saqçıga kirip qağınıdan tutun, hatta sot oldu birkaç qitim. 40-50 qitim bundan nimlerge qatnaştım yani. Sotlarga, saqçılarga tercüman salaydım. Onun keyninden Sydney'deki namayişler, faaliyetlerini Sydney'dekilerden soranlar, olar bölüdü Dazot'tan. Onunki 2012 yıldan 2014 yılgacha Sydney'nin G'arbiy Sydney Üniversiteti Milpera kampusida o'qidim. Şu vaqtida Abdullah deb bir bola o'tdi, mendan 1 yil kechikibmi. O'xshash universitetning G'arbiy Sydney'ning Parramatta kampusiga kirdi. Onun keyninden 2014'ten başlap Melbourne'da yaşadım. Hatta o'qishimning oxirisida online to'rda miyaga kelib qolgandan keyin miyada o'qigan ishlarim bo'ldi. Keyin Dilzat efendim debdi, adresini hech kim bilmaydi u bu deb. Dilzat efendim adresim kerakmi? Hozir dengizning yeniga uy savatimi. Adresim kerak bo'lsa beray, kelib ko'rib ketaman. Çünkü Sydney'deki kaskalardan quruq gapni anglavermay. Onundan keyin bizning ailemizdimi Dilzat efendim gibi tanıştırıp qo'yay. Bizning ailemiz Dilzat efendim sizga 10 resmi cho'ng keladi. Ben özüm 5 yıl Avustralya'nın federal tekşürüşüde ötüp işlige adam. Benim ailem Amerika'da. Keyni götmen aldı. Nima? Benim ailem Amerika'da. Benim özümden bir qo'saq akam Amerika'nın Homeland Security'de işleydi. Homeland Security degan Amerika Davlat Bexatarlik İdaresi degan gap. Benim özümden bir qo'saq adam Amerika'nın Department of Defense işleydi. Yani Devlet Müdafaa Ministerliği'nde. Dilzat efendim Google'ga bir yazıp bakın. Department of Defense deyseniz neymi çıkıyor? Hoşunçilikte. Hem de nimige Dilzat efendimden ekranda abiyatte Kuzat Altay yani bizden Şafudek resimlerini çıkarıp nimi kılışı o erkilliği, zanlık kılışı, mazak kılışı, siyasi komediya kılışı bu erkillik. Bunu biz karıştırmayız, o doğru. Şimdi ülgünüş gerek. Ecvi kartun resimlerle birbirimizge mesajımızı yetkizişimiz gerek. Ama bir toplum işçide, ben yok toplum işçi. O topta zaten Dilzat efendim ben diktatörlük olan başkurumen degen gepim var ki özüge okşaş gapim var adamdan hemen tep çıkarıp ötüp oldu.
Abi Brisbane'deki ballar çıktı, Sydney'deki bir hanımlar çıkarttı, Amerika'dan kelgen balını çıkarttı popslar ne? Bu Amerika'dan kelgen baldan senin İngilizcen yaxşı mı? Düşünem sen o Amerika'dan kelgen baldan nime davatqını? Bunu düşünmey turup sen mi bulmayken sen bana dep bunu çıkıyorsun. Sert emes mi ey? Bu Avustralya'daki emmisi tıkı bu toplu bir paranın işini bilmeydiken emmisi komünistek yaşayı tuttu dep kalmam da o bana. Hazır Amerika'ya varsam Amerika'nın bir topuğu ben kirsem Amerika'daki ballar sen bizdeki oylamaydıken sen bana çıkarıp çıkarıversin ben nimdeyim Amerika'dakilerini? O Amerika'dan kelgen bolup Avustralya'dakilerini nime deydin daqsın? Şunun için bu nimede yani ikrarlarda cevap verse ben doğruluk bir neslerini sözlese Facebook'ta yazmalarını yazsa o normal onu dismeyli public sorunda. Ama ben yok yerde benim kendimden yağandan kurtulda onu top takip ben sana cevap verime cumu desem beni sen münafık deptiler. Onun için ben onun cevabını verip tıllıgan dikin halkaralık bir top çıkıp bu yerde dilyarını tıllaylı, ikrarladı tıllaylı, onda kılaylı dep eskerciliş. Bu Avustralya'da defamation dep bir cinayet var. Bu kıvatbinin defamation. Şunun için ben Dilzat efendim meni halkara sotlar verginiz ki arzuyunuzda yetkizey. Abiyam yazılgan nesinin hemmisini ben İngilizce tercüm kozatıma. Ve 10 milyon dolarlık defamation davarım yolda. 2. ay ya 3. ayda kolunuzga tegdi. Tamam. Ameliyatta birilerini bana telefon kıvızıp alaka kalaylı sözlü şeyle digenler vakti benim ulanı arlaştığım kemidi. O mesela telefonla içip tılla meni de tılla uzup ameliyatta o telefonu ben avukatımın işhanesi de alattım avazga. Ama onu kırım kemidi. Küçük vallahi arlaştırıp karsam. Kırım kemidi telefonum Ahmet'i özemden şını jürüvatime. Şunun için de zaten efendim. O işe başkalardım o davanın işçi kirip kalmışsında almadım telefonunu. Ama bir günden başlayıp sözleşsi buludu. Ama aylık palancı ufkam ne evet bunu kattıktırlık üzüntüme diyen nesle ahmaydı efendim. O nesli ben adukatımın işhanesi aldım avazdı. Cuma bilip kıyım. Yani birisi benim kimliğimni bilmek istiyorsanlar gerindaşlar. Bu Saddam var mı? Adlayette ayağını ekegen Saddam. Aşı Saddam'dan ayağını ekiliş ceryanında Avustralya'nın ministerleri bilen sotlaştı Saddam. Sotku çıktı. Yani bu Avustralyalıklar yani hükümet bugünün işine biz arlaşmaylı beşimizin balağı tutmaylı Xitay bilen de Saddam'a bala senin balan emes dep durvaldı. Şunun bilen bu Saddam aldı bilen çünkü bu bala bu Saddam'ın balısı olsa otomatik Avustralya pasportu alamaydı. Avustralya hükümeti şu vaktdeki hükümet bundan kaçış için bu balı senin emes dep durvaldı. Şunun bilen Saddam o hükümetin şu vaktdeki aile işleri ministerine karşı dava açtı sotka. O sotda ularni yendi. Şu içilgan sotu edi zaten efendim. Ama ben turvatkan Melbourne'da içildi. Şu sotunun sot katerisi ve hükümü tordu turudu. Şu tordu İngilizceniz pek yakışık mı? Soyuvetsiz İngilizcini. At sot katerisini bir okup yakın. Adamın sotu kimler katmışıptı? Ministerine karşı içilgan sotka. Bunun guvaçısı kimke? Witness statement'ini kim veripti? O sotta siz dışarı çık diyorsunuz. O kadar ben kokap gitvatime diyen dilyar var mı ki yok mu ki körüm. Yani beni sotka yani bizim gidip kokap benim hayatım zaten sotuyla öttü ya. Bir şey tercümanlık öyle öttü. Ahirsi şu Saddam'daki katnaşkandaki hakның nimelerge başkalarının işi yardım kılıp ben de bitni sulap sottun. Zaten sottun bir kavlamatım ben. Uyurlar yardım kılımızda. Şu Saddam'ın sot katerisini okusanız zaten efendim körüsüz dilyar musabay var mı yok mu şeyde. Onun diken benim kimligimni onu bunu da demez. Münafık diye vaktin münafık senin dadan da edisem dadısı bek esiledem demeyen kam bizden reisimiz olan şunda hürmetim vardı. Benim kimligimni dadınızdan soran da ediyorsun. Onun diken ben Sydney'deki vaktimde yalnız bu nimege tercümanlık kıplıkamazdan siyasi panalık dilgellerine. Ben işi buzulgallarken omşayttım. Yani pul ile bazı adamlar kılıdı bu işlerini.
u iş pütse tamam u yaxşı ama iş pütmey kalsa pulunu elip kalgandan keyin taşlaplı koyuyor da adamni. Qarsanız qolunuzga xat keldi 28 günning ichida Avstraliyadan chiqib ketdi. Endi aşındaq buzulgan adamlarni men haqsiz hech qanday nima qilmay, aqamay qilatdim. Nima Dilzat efendim yiningizda Almas deb bir bol bor. Almas Nizamiddin. Almas Nizamiddinning ishini kim pul elib buzib tike, kim haqsiz o'ngshab tike bir so'ram. Tamam? Shu vaqtda bilasiz men kimligimni. Bu hamda Avustraliyadagi qarindoshlar mındaqçı bazı adamlar eğir olurdu. Qini eğir olurdu. Bazı adamlarning qini yenik olurdu. Qini yenik adamlar tükürkünü çaçırtıp ekranga chiqib, qilganini qilmaganini qo'shib so'zlaydi. Shu atigandan kechish ani qildi. Bir namoyishni qilib rasmini 10 ga bo'lib chiqarayotganini ko'ryapmiz. Bazı adamlar olurdu, demaydi o'zining nima ish qilganini. Buning ma'viliqi bek mecburlab ketdinglar ve chiqarib qo'yay dedi. Şunun için bu nima Dilzat efendim sizga bir defamation'dan xatni bir 2. ay ya 3. ay topshirib olasiz. Çünkü bir adamning o'zi yo'q topda uning g'aybatini qilib, uni tillab, undan keyin bir xalqaro to'plarda yoki xalqaro social mediada buni tillayli deb adamji qilmaysiz. Bu qonunsiz. Müşahede kanun alakaları soray. Hoş. Ekran arkalı bazı qarindoshlarımızga, bazı vatandaşlarımızga bazı laqamlarni atab qoldingiz. Aha. Ular bu yer yo'q. Hozir sizning olayingiz bo'yicha bo'lgan chog'da ularmi sizning ustingizdan erzishib qolishchi? Yo'q, mundaq narsa. Agarda bu odamlarda siyosiy salohiyat bormi? Ya'ni tashkilotda bir yerning maslahatchisi, bir yerning boshlig'i, bir yerning nimasimi? Shunday. Onundan keyin u atılgan isimleriniz siyasi laqam qo'yish olsa normal. Mesela Hillary Clinton'ni Trump deydi ki Crooked Hillary deydi. Mesela Türkiye'de Erdoğan'ni Kılıçdaroğlu deydi ki başbakan demeyin baş çalan deydi. Bu siyasi laqam qo'yish başka. Bu resmi medyalar demdaşınlar? O deydi o. Resmi medya demeyin ne deydi? Bu Kılıçdaroğlu parlamento deydi. Bu mesela Erdoğan resmi meydan dediğimdeydi, Bay Kemal deydi. Evet. O genellikle İngilizlerin uslubu da bu garipnin ademi demekçi de halkının nazarında. Şu nesle normal. Mesela ben laqam atar, mesela erken sıdık efendimden neymiş tanısan deyse deydi. O siyasi okştuş. Erken sıdık efendim ne? Tansul ağlısının nimisi garip gün omağıl evetkendek okş bulular, garip gün omağıl evetilge adam bu. Anki yolga şagirdleri orunlaştırılgan. Bu çıkkandan keyin şagirdlerini terib oldi. Hemmisinin beşida Şinjangçı Uyg'urcha va hech qanday narsani tushungan olmaydigan lug'at ma'nisiga qarab baqayli deydigan ish chiqdi. Shunga beshidagi chambar u. Onun kendinden bu yerlarga ba'zi kasaya atib qo'ydi ba'zi yerlar. Shuning uchun bu siyosiy o'xshatish. Agar chiroyini, rasmini o'xshatsa, mencha başka adamga o'xshatayotganlar mendan to'g'ri da'vat qilgan bo'lishi mumkin, chunki chiroyi bakrak o'xshaydi u yerda. Ondan keyin mush gapni chiqardingizda, men bir narsaga fursat bo'lsa deyman deb tayyorlik qilib qo'ygandim, shuni davatay. Qaranglar qarindoshlar. Bir narsani so'zlagan vaqtimizda lug'at ma'nosi demaysizlar, jinim qarindoshlarim. Chunki mana bu Introduction to Politics deb qarindoshlar. Ko'rindimi aniq? Haqiqatmi? Some folks yıkıldı işine. Siz aldığınız var tatımı? Aldığımda kendine. Hemen. Introduction to Politics deb bir gerek tatandım hemen. Mağlup qarindoshlar. Oliy maktabning darslik kitobi. Şu siyaset yakimiz xalqaro munosabatlar o'qisanglar 2. mavsumdami, 3. mavsumda o'tadigan kitob. Siyasetga kirish, turkchisi, uyg'urchisi siyasetga tonishtirish. Her qanday ilimning jinim qarindoshlarim o'zining so'zliklarga izohat beradigan ishi bor. Ko'rindimi bilmayman. Siyaset ilmining siz ko'rgan lug'atchi ko'rgan oddiy so'zlarga her bir kitobning keynida bunda o'zining izohati bo'ladi, men sadaman ketay. Yani lug'at bilan mangmaydi ishlar. Uyg'ur tilidagi izohlik lug'ati degandek siyosetning ayrim lug'ati bormi?
Yani Oxford İngilizcesi logoti var, söz logoti. Onundan keyin bütün kesiplerinin özünün ayrım logoti var. Bunu mandalı düşünün. Su dese, renksiz, puraksız, suyuqluq cisim dese, mesela su ne? Kimyaga kirsangiz su degan H2 o'g'u. Shuningga o'xshash har qanday so'zning, har qanday uqumning sohalarda o'zining ayrim zoti bo'ladi. Siyosat ilmi bir xil, jamiyatshunoslik bir xil, xalqaro munosabatlar bir xil. Shunga indigenous people desa, Oxfordning lug'atini ko'tarib chiqmaysiz, jamiyatshunoslikning zoti qaraysiz. Shunga bu iliqi İngilizce bilgen New York'taki ko'chada yotgan homeless'ning hammasining siyosatchi bo'lib ketmasligining sababi ular inglizchani bilsa-mu, sahadagi izohatini bilmaydi. Shuning uchun bu azroq bir bu qadar qora jaholat bo'lmaydi ya. Bu kitoblarning bir keynida har bir sohaning o'zining izohati bor degan gapnimi yo'g'on sarxil olimlarimizga tonishtirish, tushundirish oldi qilyapmiz ya. Oycu, bu kadar cehalet ulamdı. Şunun için o bilmesen otta sadıgan giteyli kalayımkan kalmay otta. Bilsen an izde kendini bir iç bak bir siyaset doğrusu işki kitap oku. Kendini iç baksan bütün sözünün izahatı var. Siyaset ilmi manda karay. Ma sözünün mənisi ma bu de. Şunun için hem bu da akıbet görsek. Hoş, ondaki Memtimin Ela Efendim'den bir iddia çıktı. Ben aldı bunu da koşum gerek boş mümkün. Yani Memtimin Ela Efendim bile ben sözleştim. Nim kolduk, paranlaştık. Yani biraz düşünüşmezlik bilen aldıraksallık çıkıp kalkanlığını yes kıldım. Çünkü birinci gibi bir yerde 3 tane anı iddia var ki 3 cevap verirdi. Birinci gibi palav işi de dilyar işi yer yok dedi. Keynidin asli tercümanlığı dilyar barat dedi. Onun için bu tekşüreştin ötenmediği diyen gibi var ki bunun sebebidir. Bu qarindoshlar bu to'g'ri gap emas. Chunki men o vaqtida 2009-yil abay deganimda Avstraliyaning federal tekshirishida o'tgandim. Mening bilishimcha o vaqt Memtimin Ela Efendim Avstraliyaning federal tekshirishida o'tgandim emas. Shunga agar men o'tamasam o tekshirishdan, ya'ni bu deganim shu vaqtida Roshan Abbas xonim Amerikaning qanday tarjimoni bo'lsa, men 21 yoshimda Avstraliyaning shunday tarjimoni edim. Ama u yerga borgan vaqtida Memtimin ras asli men jabdug'an, bardug'anga men jabdug'an. Rabia Qadir xonim bilan Memtimin Ela Efendimning nima qilishi bilan hatta pasportim yo'q, travel dokumentlarimni oldim va ya'ni bexatarlik tekshirishida o'tishim yo o'tmasligim uchun men unga iltimos qilishim kerak, materiallarimni berishim kerak. Ammo mening materiallarimni qo'liga olmay bular. Memtimin Ela Efendim ketib qoldi. Ya'ni bexatarlik tekshirishdan o'tanmadi degan gap yolg'on gap qarindoshlar. Uning sababi boshqa, hamda uni keyin so'zi şeyle shu. Yani sebebi mende emas. Sebebi başka tarafta onu vaqtida sözleşimiz. Onundan keyin Memtimin Ela Efendim depti Avustraliyaga şu Avstraliyaning bir elchixonasi var ki shu rayonda bu elchixonaga viza iltimos qilsak rad bo'ldi dedi. Yani dilyarlar yok ya bu işte. Ular viza iltimos qilibdiki rad bo'ldi. Ondaqchu hozir Türkiye'den bir 6 qarindishimiz Amerika'nın vizasiga elchixonasiga iltimos qilib baqsin Anqarada. Alalamdı viza. Alanmaysiz. Bu ishning keynida bu Amerika'nın Tashqi ishlar ministerligida, Amerika'nın viza beradigan ministerliklarida lobbichilik qilish kerak bir tashkilot ya bir odamlar. Onundaki ular ishni tayyorlagandan keyin siz mayaqdan vizaga iltimos qilsangiz, onundan o viza elish ehtimolimiz var. Unda olsa Memtimin Ela Efendimler palavda tercümanlık qilib viza iltimos qilganda bu ishning Avstraliyada lobbichiligini kim qildi? Ya Memtimin Ela Efendimning xabari yo'q ishlar ekanda so'zlashsak. Mesela astidagi birinchi rasm bizning Demian aka boshchiligida bir
bir qancha kishilik tashkilotimiz bor-da, 5-6 kishilik. O astidagi bu daraxtning rasmini ko'rsatsangiz, shu Bekram Sintash efendim. Bu nimadan Google'dan izlab topolmadim debsiz va Google izlashni biz o'rgatmaylik sizlarga, sal tuzukroq izlanglar bundan keyin. Ya'ni bu shu vaqtida bizga chiqqan xabar. Ya'ni Avstraliya Uyg'urlarni qabul qilishi talab qilindi deb bizning shu tashkilotchilarning medialarga qilgan nimamiz. Ondan keyin Demiyan efendim bir so'zladi bu deyman medialarga shu vaqtda radiolarni o'rinlashtirganimiz esimda. Bu medialar chiqqandan keyin undan keyin o'ng tarafidagisiga qarasangiz, o'ng tarafidagi nimaga? Bu faqat bir misol juma, uni 11 yil oldiki hammasini izlab tepishmi taskin. Ondan keyin Memtiminala efendim biraz aldırab kelib so'zlagan nimasiga kirishtirib Arslan, men seni bu kadar tuvan saviyada deb o'ylmabdi ekan, men bek ümidsizlandim. Arslan qayrinishim taqdivatgan videosida Memtiminala efendimning palovdagi narsi video ko'rinishlar mana bu. Bu SBS televiziyasining ishlagan hujjatli filmi. Ya'ni manda qo'yilanglar. Bu nima? Memtimin Ala efendim palovda tercümanlık qilib kesse, mayadın SBS'den David O'Shea degan muxbir bor ekan. Bu filmni bu yerda tartib kelsalar, u o'zi bir hujjatli film bo'lib tayyor bo'lib qolmaydi. Bu 13 soatlik ham material tartib keldi. Uning mayada kesidigini va kirgizdigini va Uyg'urlar gapirganda tarjima naq aslo to'g'ri kelishi kerak, sekund milliy sekund hisoblaydigan ishlar bor. Şunun için o kelgandan keyin şu SBS'de hatta David O'Shea'ning uyiga berib ishligini esimdaman vaqtda o'lgatimiz debchu. Mushda keynidagi xizmatlar bo'ldi. Buni Memtimin Ala efendim nim qilmay qopti, o'ylamay qopti. Shuning uchun bu bo'lgandan keyin hatta biz shu vaqtda Laykadagi Yeshillar partiyasidan boshlab ustiga tonishga nim qilishga boshlagan. Va yana desam, yana shu vaqtda Memtimin Ala efendim kelmagan. Dilzat deydi bu bizning tashkilotlar munda qilatishga anda qilar va u vaqtida Sidneyda bo'lgan shu adlaytchilarning xabarim yo'q bo'layotgan ishlar bu. Uning keyindan biz meyada lobbychiligini qilgandan keyin Memtimin Ala efendim palovda bizga 2010 qanchinchi yilda xudoyim xat keldi. U xatni men Memtimin Ala efendim yo'q bu yerda, boshqa birisiga berdim. Uni men hozir ismini chiqarmayman. Buni bildirganlar kimga bergan bo'lish ehtimalim borligini bildirganlar nima uchun hozir demaydiganimni tushunib oldinglar. Chunki bilasizlar. Shuning bilan 2019-yil Nurgul Savat xonimdan buni biz polis chekda o'tgandan oldik. Tamam? Agarda polis chekdan o'tdimi, o'tmadimi, nima bo'ldi? Uni Nurgul Savat xonimdan so'rsanglar deb turdi. Nurgul Savat xonim yo'q yerda. Memtimin Ala efendimning 3-iddiasini bir şey to'g'ri keldi. Nurgul Savat bilan Dilyarni men vayron qo'ytime, rasvo qo'ytime, yakson qo'ytime degan gaplar u biroz hayajondan chiqqan gap deb o'yladim. Chunki vayron qo'ytadigan, yakson qo'ytadigan odam tug'ilmadi dedi. Tamam? Buna işte cevap verin. Şunun uchun bu yerdagi masala shu. Nurgul Savat xonimning menga 2019-yil uni demasa, men unutib qoldim. Endi bu yerda bo'ldigan ish nima deganda, palov masalasi ma'lum. Bir adam oldingi safga verib tarjimonlik qilib ularning ayada o'ltiraqlish ishini qilsa, yana bir taraf lobbychilikni qilamiz keynida. Miyadagi hukumatni, miyadagi nimagini qoyil qilish uchun harakat qilish kerak. Uningdan keyin yana u vaqtda Amerika Obama hukumati majburlayotgan bu boshqa Avstraliyani alamsizlar deb ishigini chekib. Yana 3-qatlamda yana nima ish bor deganda Avstraliya bilan Amerikaning o'rtasida savdolik bo'ldi vaqtida. Endi bu yerda bizga tushirdigini Avstraliya mayli vizani beramdi, bermamdi, nima ish bo'lsin, bizdan talab qilgan narsani tayyorlab berishimiz kerak. Bizdan talab qilgan narsani biz tayyor qilib beraylikki, viz bermish o'zining ishi. Ammo tayyorlab bermidi. O palovning masalan u yerdan bu yerdan chiqib palovdagi ishni yog'man deb, uning bir nimasi vatdi, mening akam batdi, bu batdi degan qarindoshlarim. Palovga asli mangadigan tarjimonning manligimni bilamtinglar? Bilmaytinglar, shundaymi?
Unda olganki sizlar bilmaydigan ishlar jiq. Ben o gapni nima uchun chiqiraman? Masalan, yana bir narsa so'ray. Dilzat apandim boshchiliqlardan. Bu palovning masalasini tushunmay murakkablashib ketdi sizlarga tamam. Bu Dolqin İsa Ömer Kanat Salihni chaqdi degan gapi fikringlar bormi? Yo fikring yo'qmi aningga? Tamammi bu? Onun degan nima Volkswagen masalasini Amerikadan ishkisidan kirib bu ishning vakili biz deb u ishni buzg'unidan uning fikringlar yo'qmi? Qabul qildinglarmi uni rasmiy? Shuning uchun xabar balkim mening xabarim yo'qdir degan bir ehtimol qo'yinglar jinim qarindoshlarim. Bir ehtimol qo'yinglar. Adlaytda o'tirib o'ylab, shu u bundaqdi, bu bundaqdi, bu rostdi, mavi yolg'ondi deb Allah. Bu Dilzat efendim bilamsiz immigrationning darvozasidan qayerga qaraydigini bilamsiz? ABC'ning, SBS'ning darvozasidan qayerga qaraydigini bilamsizlar? Ko'p sonliqlarimiz tarjimonlik, mening Sidneyda tarjimon bo'lganligimdan azroq xabar olgan o'xshaydi. Ko'p sonliqlarimiz tarjimon bo'lib ishladik. Unda ya tarjimon bo'lib ishlagan qarindoshlar bor albatta bir yolg'iz men emas. Ammo sen emas Dilzat o. Unda olganki shu kodda bilmaydigan narsanga. Shuna keyingi betga o'taylik. Keyingi betda hamda mana bu tushgan iddaolarni eslab tugagan bo'lsa, qaysi kuni Dolqin İsa efendim Amerikada xalq bilan ko'rishganda bir iddao, yeni bir narsalar chiqdi. Shunga javob berib o'tib ketay. Keyingi betga o'tamiz. Xo'sh, birinchisi Dolqin İsa efendimning iddaolarida birincisi shaxsiy qarashim Indigenous People doklati xato bo'libdi dedi. Endi qarindoshlar, bu Indigenous People degan to'g'ri, buni burun tushunmagan, o'qib tushundik deyotgan qarindoshlar. Endi sizlardan so'rayman. Rais, ya'ni raislar dediki bu narsa xato bo'libdi dedi. Endi qanaqa qilasizlar? Qanaqa bo'ldi endi ishlar? To'g'ri bu degan yomon emas. Indigenous People'ning qanday huquqi va manday huquqi va deyotgan qarindoshlar. Endi qanaqa qilamiz? İkincisi Dolqin İsa efendim deydi ki biz 50 mark bilen teşkilat kurduk deydi. Yani 5 milyon dolar bu teşkilat kurgalı var mı çetelde kulağını götürenler bolsanlar. Yani madem başında kurudu şu yenimizden kajlayımız hemimiz yenimizden çıkarımız. Bunun böyle dep böyle biçarlık ya kemberlik edebiyatı tokuşuqu gerek var mı? Bunun için benim en dikkatimi tatkan nokta fidakarlık en mühim dep Dolqin İsa efendim. Ben bunun bana bir misal vereyim qarindoshlar. Şərq Türkistan armiyası Aqsu'nu ağılıb ağa vaxtıda partizanlıq əmmi tərəf-tərəfdən kirib aşağıda Aqsu'nu nayəllərini elib atqan vaxtlarda intayın fidakarlıq bilen Gomindan'ın potaysını qovduğundan Uygurlar batdı. Bildi mi bunca qarindoshlar? Yani acayip fidakarlıq bilen qovduğundan Gomindan'a sadık kaldı. Uygurlar. Yani bu yerdeki mesele aval fidakarlık mı? Yakımızda aval doğru taraf tuturuş mu? Şərq Türkistan Milli Armiyası taraf tuturup fidakarlık gösterken Uygurlar Gomindan tarafta Gomindan'ın potaysını qovdayman degan Uygurning fidakarlık ikisini qaysisini biz hurmatlaymiz. Shuning uchun meni deydiganim Dolqin İsa efendim oxirsida demagogiya qilib fidakarlık eng muhim deb xo'r shaklida ko'tarib o'tibdi oxirsini. Bina deydiğim to'xtam bir minut. Fidakarlıktan burun doğru taraf tuturuş mühim. Eğer de onu kılamırsanız 12 yıl fidakarlık bilen 2009 yılda 2007 yıldan 2019 yılgacha 12 yıl qanday fidakarlık bilen Uygurların Indigenous People qanunlarını köydü. Ve bu fidakarlıkның nima keragi bu davaga, bu xalqqa. Şuna aval doğru taraf tuturaylı, andiki qilaylı fidakarlıkni demekçiman. Onun için Dolqin İsa efendimning yana bir iddiası Dünya Uygur Qurultayı'ga yaza 44 teşkilat var deb bunun içinde Kanada Şərq Türkistan Cemiyeti deb sanaptı, başkalarını sanaptı. Ya mening bilishimcha Kanada Şərq Türkistan Cemiyeti Dünya Uygur Qurultayı'nın a'zo teşkilatı emas, mustaqil teşkilat. Avustraliyadagi Şərq Türkistan Cemiyeti mi Dünya Uygur Qurultayı'nın a'zo teşkilatı emas, mustaqil teşkilat. Shuning uchun men Dolqin İsa efendimning
Dünya Uyghur Kurultayı 44 teşkilat var degan gepin olma. Aş 44 teşkilatın bir sana tizimligini çıkarıp bergen bolsanız bunun qanchisi ras a'za, qanchisi özünün xabari yo'q sizlar yezib olgan mustaqil teşkilat. Şunu bir ko'rib bakmamız var yani. Aş tizimlikni bir ko'raylar. Ras 44 teşkilatını barmı? Andaki yana bir iddiası her qanday teşkilat biz birden bir vekillik qilgan teşkilat deb yezib olsa bo'ldi deydi. Ama bunun cevap qaytarmay bütün qarindoshlarimiz o'zi bersin javobini. Hamma teşkilat ben birden bir vekillik qildim men deb yezib olsa bo'ladimi sizlar? Andaki Dulqi Sapandimning yana nerede dedi? Hoş. Şu hazır ahirki sözüne yani her qanday teşkilat biz birden bir vekillik teşkilat deb yezib olsa bo'ladi degan gapni nerede deb Ya qaysi kunki nimin dağıtımı Amerika'daki sual cevap jarayonidagi so'zlar hammasi. Gaplarning hammasini shu yerda dedi, bütün hammasini. Onundikin Indigenous People doklati nimishqa amdi chiqdi deydi. 13 yilning yog'i chiqmay nimishqa amdi chiqdi deydi. Men bu yerda Dulqay Sapandimdan kechirim so'rayman. Ya'ni biz o'tgan 13 yilning yog'i G'ulom Osmon apandining gapiga ishonmay, Dunyo Uyg'ur Qurultayiga ishonganligimiz uchun kechirim so'raylik. Nimishqa amdi chiqdi chunki sizlarga ishonib tuqmaysiz. Çünkü G'ulom Osmonning gapini anglab, G'ulom Osmon apandining "Voy bu ashur etibdi, yog'minga qilyapti" deb gap tuqmiz hozirgacha. Buning uchun biz kechirim so'raylik yani. Nimishqa hozir chiqqaniga. G'ulom Osmonning gapiga ishonmay, sizlarga ishonganligimiz uchun biz sizlardan kechirim so'raymiz. Anı kim ben bir savol tashlab qo'y. O'tgan 1 yilning yog'i buni so'zlashayli deganda nima ishlarni qildinglar? Yig'inlarda gap qilayotgan vaqtimda meni telefonda yig'indan tepib chiqarayotgan ishlarni unutib qoldinglarmi? Nima ishlarni qildinglar o'tgan 1 yilning yog'i? Shuning uchun endi chiqdi. Shunga endi chiqdi. Hatta en oxirgi sabrimiz bilan 1 yil bilan biz so'zlashayli degan shaklda tirishdik, bir dialog qurayli deb. Shuning uchun endi chiqdi va G'ulom Osmon apandiga ishonmay, sizlarning gapinglarga 13 yil ishonganligimiz uchun sizlardan kechirim so'raymiz. Undan en oxirgisi biz o'qituvchilarni dushman ko'rmaymiz. Ya'ni bir qarindoshimiz so'rabdi Amerikada, sizlarga o'qituvchi odamning hammani Xitoyning odami ko'ramsizlar desa, biz o'qituvchilarni dushman ko'rmaymiz. Bizga qo'shilinglar, kelinglar, hammalarni quchoqlaymiz debdi. Ahmet apandim, biz sizga bir video avatdim, shuni ovoz shaklida qo'ysangiz xalqimiz bir anlasin. Kuchlarmi Dunyo Uyg'ur Qurultayi Sharqi Turkiston xalqiga vakillik qilolmaydi deganni bozorga silib, Dunyo Uyg'ur Qurultayi ustidan imzo to'plash safarbarligi boshlatib, milliy harakatimizning xalqarodagi ijobiy obrazini xunuklaştirishga urinmoqda. Albatta bu xil kuchlarning xeylidan buyon Dunyo Uyg'ur Qurultayiga qaratib kelgan turli hujumlari Qurultay rahbarlarini, Qurultay vakillarini va Qurultayga cho'nqur muhabbat bog'lab kelgan keng avom xalqimizning noroziligini qo'zg'ab kelmoqda va xalqimizning Dunyo Uyg'ur Qurultayiga bo'lgan rishtisi va qo'llashi yanada kuchaymoqda. Garchi Dunyo Uyg'ur Qurultayi hozirga qadar turli xalqaro munbarlarda Qurultayning tub maqsadi va g'oyasining Xitoy tarafidan besilingan vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirish ekanligini ko'p qitim ochiqcha ta'kidlab kelgan bo'lsa-mu, afsuski bu kuchlar Dunyo Uyg'ur Qurultayining qandaqdir avtonomiyachilik bilan ayblab, Qurultayning g'oyasi va maqsadini qasdan burmilab, Qurultayning xalqarodagi taraqqiyot qadamini to'sishga va Qurultayning xalqimiz ichidagi ta'sirini ojizlashtirishga urinib keldi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasiga hujum boshlagan. 11 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda chaqirilgan 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur Qurultayining oldi kaynida Qurultayga qaratgan hujumlarni kuchaytgan. Milliy harakatimiz xalqaroda jiddiy bir burilish bosqichiga qadam qo'ygan holqiliq paytlarda Qurultayga qarshi o'tirg'i chiqqan intayin osondagi bu kuchlarning yildizi va niyati bir bo'lib, vatan millat yo'lida fidokorlik ko'rsatish bilan emas, to'rttomning ichida gapbozlik va rangvozlik bilan oson yo'ldan sunniy qahramon bo'lishni niyat qilgan bu kuchlar burunqidek xalqimizning haqiqatni ko'rishi bilan asli moyda oshkorlanadi. Xo'sh, mening buningga 2 savolim bor oldi bilan. 3 savolim bor. Birinci sualım, bunu kim yazdı ya? Ya bu til, ilki Abdunum rayonluq, ilki xalq vakillar qurultayının tili o bu. Ossondaki bölgünç güçler deyişi var tabii. Xudayım to'g'ri.
Kim yazdı ya bu adamla almıştırınlar qarindoshlarım. Bu şundan xabar yazamdı bu kommunistning xabaridek. İkinci sualım, muşunu okugan qarindoshim bu o'quvchi ko'nglingiz ilashdi mi, ilashmadimi? Üçüncü sualım, Dolqun İsa efendim öktüçülerini kucaklaytınlar, o düşman kömeytınlar, o nimige bu aslanlık bölgü, intayın aslanlık bölgün çıkışlı ekemiz biz. Ilgı, Golcu kırgınçılığı bu handike radyolardan avaz çıkıp durdu, aslandaki milli bölgüncüler, halk vekillik kılanmaydı, aslanlık milli bölgüncülerinin uğrup çıkış bizim hareketler dep etigenden keşke sayraydı, nek şu isimge geldi manan tılı öyle. Şunun için yani biz Dünya Uyghur Kurultayı'na karşı adamlarını yani bunun siyasetiga, bunun manga yoluga karşı adamlarını, öktüçülerini Xitayning adamı deb qarlaymiz demla o çok onu xalq sorusa ya onda qarmaymiz bizga qo'shilinglar sizlarni quchoqlaymiz demasdan o çoğunu demla bu çünkü davatgan gapinglar bu mediaringlarda hozir ashaga 1400 adam imzo qo'ydi bu 1400 adam Dolqun İsa efendimga tushgan biletning 5'si rad qildi ve bular aslanlık bölgünçü oldu mu hem de biraz el insaf. Biraz el insaf. Tamam. Onun üstüne tılımlarını bir almıştırıyorlar. Bir demokratik devletinin haberi onda yazılmaydı ya. O ne mi? Ne komünist. Kim kime tükelim? Emines tügendiki alı ben sualını. Ahmet Çağız kaldı. Okey. Emines tügendiki alı ben. Bu da kuvvet göteyli. Hoş, Dolphin İsa efendim dedi ki bu hata oldu dedi indigenous people. Aldıdaki tahtısını yoğantını gök tahtını ben kızıl demeye ap koygan tahtını yoğantını. Bunu adam körep oldu oğlum. Ya ma bu Facebook tükürgen bilen YouTube gördüğünde ayrım kemçi Facebook işletmeyi aldı. Şuna rekord kalsın. Bu yagi yazılgan neyse indigenous people teşkilatı diyen şey. Eğer de sizler indigenous people teşkilatı bulmasanlar bu tahtının keyinde otlamayısılar. Birleşken Devletler Teşkilatı da USA'da bizarlık tahtının kendi Amerika ulusu vekillik kağılı oturdu. Germany degenge Germanya'nın oturdu. Biz Indigenous People Organization'da otlanmaslarımız gerek. Hatta depto minin hukukum yok neye başlıyoruz şu yerde oturun. Hop geçiş gerek bir yerden ben katlaşmayayım bu şıkkınga. Bu forumda biz kabul kılmayımız biz Indigenous People emes. Ya bu yığında küzetçi şeklinde katlaşaylı ya kumasa biz bu yığında işimiz yok dep kopap gitsizler. Hazır bu Indigenous People Organization bolsanlar sizler qanday Uyg'urlar vekillik qilsizlar? Yani biz sizlarning 13 yılning oldida bir deptagi bir narsani yezib qo'yib xato bo'lganini so'rab chiqyapmaymiz. 13 yılning yog'i bu taxtining keynida o'tirishinglar xato ve bütün milletki vakaleten oturuşunlar texmi xato. Mesele bu. Yalnız ecdadımızdan bizden tarihimizni inkar qilishli bo'lmaydi bu. Kelgüsümüzü, müstakillik hukukumuzu mu to'sib etdinglar? Eşet o'tdagan siri to'slayverdi. Yo'q o hukukumuz. Hozir xalqaro qonundagi narsalarni bir advokat chiqib bu narsalar xato bo'libdi yoki Dilyar degan bola xato so'zlabdi. Bizning mustaqillik huquqimiz bor. Bu bola xatolashib qolibdi degan bir odam chiqdimi? Bir advokatning birisi. Chiqmagan bo'lgandiki, demak bu yerda to'silib bo'lgan bir ish bor. Shunga bu to'silib bo'lgan ishni yechishning amali bu yerdan qopab ketish kerak. U qopsimi ziyonni to'liq bo'lmaydi, urgan ziyonni. Chunki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy meclisidan o'tgan bunday narsani nima qilish, unda aslan bu yerni rad qilib o'tamiz, nima qilib o'tamiz, o'zimiz doklad yozib kirgan yerdan chekinish unda oson bo'lmaydi qarindoshlar. Shunga uning ziyni bo'ladi, ammo eng ozi bo'lgandimi, men millatimizni menda shamanda qilmay, oyatdan asta qopab ketish kerak. Mesela Özbekler o'zini indigenous people debdi. Bizning o'zbeklar bilan tariximiz 2000 yilning yog'i birlik kelayotgan xalqlar. O'zbeklar indigenous people bo'lsa, bizning indigenous people bo'lamiz. Bu yerdan qopib ketish kerak. Xato deb qaragan ekansiz Dolqun İsa efendim, bu yerdan chekinishinglar kerak. Agar chekinmasanglar,
Tamam, biz imza bilen çekindirişini bilimiz. Keyinki bet görsanız yani bir tez ötüp ketadigan noktadan birisi var. Hoş, Nuri Türkel efendim depti, inidi bizge avtonomiya mecburlamaydı o, hiç kimge mecburlamaydı depti. Onda olsa muhbirden demiş ki avtonomiya alımız dedimiz. Demiş ki. Yani inidi ya hiç kim bizni mecburlamaydı ama bizim jürgümüzde avtonomiya otu var mı yani o yalpınca doğan özümüzü Dağıstanmaya avtonomiya alımız devetken. Alımız degen bilen alıdı, talep kılıp geldi degen gepning 30 fark bardı. Ya fark yok okşaş. Xitay bizni müstakillik alıdı dep davatıdı. Müstakillik için küreş kıvatı dep davatıdı. Biz yıllardan beri avtonomiya talep kılıp gevatımız. Bu haqda so'gan savolga javob berilmadi, shundaqmi? Ben hazır soratım hemen sualdı. Nimiş kaldıysa avtonomiya alımız dedinler. Yani nimiş için kim o avtonomiya talep kılıp gevatkan? İnidi bizni mecburlumuzsa. Yani bu sual var tek cevap vermegen bu Ferhat Yoronkaş efendim bil Kahraman Hocam berdi 2011 yılı bizden işçimizdi. Biz halısak mı, halımısak mı cek avtonomiya aldı bar degendi. Kimler şular? Ferhat Yoronkaş bilen Kahraman Hocam berdi efendim bilen köge yana bunu soraş gerek. Kimler şular? Avtonomiyacılar. Biz bir bileyli. Şunun için emdi keyinki bet görsünüz. Bizning iddiarımız bir laq erindaşlar. Bizning talabimiz fakat ve fakat bir. Keyinki bet götüm. Meşhedama nimaga Nuri Türkel efendiga munosabatli bir gap qilay. Agar Nuri Türkel efendi o'ziniki hozirgi bilim saviyasi va salohiyati bilan chiqib, agar injinirs masalasida mustaqillik to'sali bo'lgan bir masala yo'q desa qayda olamsiz? Dis qayil olmayman. Ben bilem eğer manda diye. Eğer Nuri Türkel efendim çıkıp xalqaro qonunda indigenous people'ga to'salga mustaqilligimizning to'salga yeri yo'q desa, ben Nuri Türkel efendimning ishki yuzini o'qitadigan professordan birini chiqarib, Nuri Türkel efendimga tushunmagan yerini tushundirib qo'yman. Qayil olmasa? Onunga qayil olmasa, Princeton Üniversitetining manbasini verdik. Onunga qayil olmasa inglizlardan bir gapi var. Put it on your pipe and smoke it deydi. Ya mokurkanını nimaga qanzan qo'yib sho'ra qayil olmasang ishingga tat deydi. Hozirda ba'zan izlanguvchi mustaqil izlanguvchilarning ham taxircha indigenous haqidagi ijobiy tushunish va undan ijobiy shaklda foydalanishga rag'batlantiradigan iddialar yoki yozmalar tirishchiliklar bor. O'tirib yana shu yuradi. Bu mustaqil kuzatuvchilarmi yo mustaqil ko'tarmachilarmi? Kuzatuvchi deyiladi-da. Tamam. Agar zambildikisi poq chiqsa, haqiqatan andan keyin ko'tarmachi degan so'zni ishlasak bo'ladi-da. Hozir poq degan gapni siz dedingiz misolan va boshqa qo'llovchi qarindoshlarimiz o'tirib qo'ygan bo'ldi. Lekin bu qonuniy bir masala bo'lganligi uchun, ya'ni xalqaro qonunlar biroq murakkab ta'sir bo'lganligi uchun bunga nisbatan misolan hozir bizning ichimizdan, bizning tavalligimizdan yoki bizga tava deb qaratilgan ilim odamlardan misolan salohiyat jihatdan Nuri Türkel efendininki bu vaqtda bir ig'iz so'z qilish eng ma'qul, ya'ni ma'qul deyiladigan bir salohiyatdan. Bunda bo'lganligi uchun bu adamning sukut qilib turilishi misolan başka izlangıçlar bu mesele tahqiqatcha zambildikining nima ekanligiga nisbatan xalqda resmiy aniq bir narsa chiqmadi shu. İki qaşqa ardı. Ahmetcan, bütün mesele muşu. Asli muhatap bo'ladigan, ekranga billi chiqadigan adamlar chiqmay, beshini tiqilib, tashbaqligan usul qash-qashqa xalqni jidalga silib o'ynayotdi. Ya bir çıkımlar, bir kaysınlar bu şu işini mesul kaysınlar çıkımlar 2 saatte bütün cidel tügeydi. Ya 2 saatte mini katkı matkı etsiz. Ben bunu dikin ekranımı talağımı çıkmaya üyem kirip işimle kılmaya. Ya siz resva olursunuz hakkından aldı da ve aldamçılığınız çanı da bunun dikin siz üyünüzü kirip siyip kirip kuklaysız. Bundan korkaş var mı da?
ekranga chiqmay, oldiga chiqmay, xalqni ishtirib qo'yib, bunaqa ko'tarmachilar bilan xalqni jidalga sepib o'ynadi. Dunyoning nerede shunday ish var. Mesela Tibetlerning bosh ministri o'qituvchi Tibet yoshlar qurultiyi bilan savol javobni birga qilamdi, ya xalqni sepib qo'yib qochib ketamdi. Mas'uliyatsizlik, shaxsiyatchilikni, shaxsiy nimasini qo'g'dayman deb bo'layotgan mas'uliyatsizlikdan xalqni qalayimqon qilyotdi. Hozir chiqsin, chiroyli bir o'tiraylik, hatta bu yoshlar yana bir aylan bor, o'zining qonunda o'qig'anligi, advokat salohiyati borligi bilan istab turgan bir aylan sizlar biz tartışayotgan, ya'ni indigenlarninki mustaqillik huquqi yo'q degan gap yolg'on gap yoki xato gap degan bir gapni deganligini deydi qarindoshlar. Isbotini ko'rsatsin. Bu mesela nimenin kanununu okuttuk ya, Xalqaro qonun indigenous people. Qaranglar qarindoshlar, bu yerga tushganlarni aldıraqsallik qilib, hayajonlanib bunday yerga tushmanglar. Chunki men Avstraliyada West Papua'ning indigenous people sababidan referendumlar xato ketib, o'ynab mustaqil bo'lolmaganligi, Sharq Timurning qanday mustaqil bo'lganligi, indigenous people bo'lib qolishning qanday rol o'ynaganligi mustaqil mutaxassislari Avstraliyada. Şunga o'zinglar bilmaydigan temada nima qilib, masalan, nimaning advokatligini o'qitdik, nimaning qonunini. Aeroplan bilet setishning qonunini o'qitdim-ki, nimaningki. Chiqib, maddada manda bizga o'xshashchu, nimani ko'rsatsa. Maddada manda bo'lganligi uchun manda bo'ladi desa, sharti to'shiladigan chiqsa, biz bu meyadagi professorlarni bekor xabar qilmaylik deyapmiz-ku. Res chiqib desin, onun kendinden biz dersini verdik adamlar var meyada. Ekranga bermayman savolni, asl savolni. Aşağıda ispatlarını gösterip yazsın gibini. Yakımız ekranda ispatını gösterip sözlüsün. Ben kanun okuyan, bana iş var, bağ yok deydiğen o kanun okuyan adamın deydiğen gibi emez. Videoda yandaki özü koyup koygan kitaplarını gösterip, muşunun hemmisini okup çıktım. Bunun bunda mesele yokken deyen gepni qilganligini ko'rganlar. Şu qaram, men bizning da'atimiz. Mudaqibet necha va mudaqibet bilan men deb beray, nemish yo'qligini. Mudaqibet kim naqli kep. Keyingi bet bunun keyingisi. Xo'sh, nemish yo'qligini biz nemish mustaqil bo'lolmaydiganimizni ko'rsatdik. Ya indigenous people degan zaten mustaqil bo'lolmaydi. Bunu talaştan çıkaran olsanız siz kanunu başka yerde okupsiz. Yani okumapsız. Indigenous people deganın nemiligini bir düşünün aldığında söz mü söz? 3 saat sözlüdüm. Bu adamların müstakil bir hukuku yok. Yani ki İziz İsa degan efendim avu nimalki Barbados mı? Barbados. Şu yani müstakil oldu. Bunlar cumhuriyet oldu. Şunun için bu indigenous people'lar devlet kurdu dev jürüp daha adam Kudaya tövbe. Haram izleyse efendim biz hatta Avustralya'mı bir indigenous people rayonu ki biz devlet kuralaydıkken bir nimelerni dep şu. Haram İsa efendim Barbados olsun ya ki biz olaylı Kanada olsun yani bir olsun hemmisi bir sovereign state müstakil devlet. Ama bu devletin rejimi nimo işçideki rejim nimo deseniz biz a padişahlıkның umumyüzlük birlik kelgen hemimiz Commonwealth'ның bir partisi yani. Padişahlıkның bir parçası. Biz sizlerinin subject'ınla emas. Yani sizlerinin kulunla emas. Yani padişahlık olduğunda subject oludu biz kul bulunuzda. Yani yaşlarının kölesi ya yaşlarının adımı. Ama biz sizlerinin subject'ınla emas. Biz citizen. Yani bu yerde devletliş bu gayeler bu. Hem de bu şu birleşme padişahlıktan meyli Barbados çıkamdı, meyli Kanada çıkamdı. Kim çıkesse zaten müstakil devlet olan birisi şikayetse rejim almışıdı. Padişahlık Commonwealth Birliği'den çıkanlar Cumhuriyet oludu, Republic. Yani muşunu bilmeyi Angliya'da 30 yıl oturup tayin yok bizimini izip jüriydi adam. Mesela Barbados mu Commonwealth'ın bir partisi gibi müstakil devlet idi. Ama Commonwealth'ın çıktı Cumhuriyet oldu, Republic. Ve Avustralya mı hazırki Angliya'nın kanışı Elizabeth'ın ölüşünü saklayatımız. Elizabeth ölgen günü Avustralya'mı çıktı da Commonwealth'ın Cumhuriyet olumuz biz mi? Şunun için
devlet bilen devletning rejimini, devlet sistemini ikisini aranmaganga. Ya Barbados bir indigenous people'lar devlet olmadı. Commonwealth'ның içinde var. Bir devlet Commonwealth'tan ayrılıp Republic oldu, Cumhuriyet. Amerika'ya okşaş. Amerika'nın bir Cumhuriyet. İlki bir nimbağı, ilki bir hikaye, ilki bir sedepto. Nimide Yunanistan'da bir ayağının aldığı bir şeytan çıktı. Kızımın soyumu sanılmaydı depto. Hem de soyayı depto. Asmanda öşkü çıktı. Doğru mu dese sualımın değerini tüzdüme o nime emez. Şeytan emez. Cebrail aleyhisselam kız emez. Oğlu öşkü emez. Koşka deydiğen bir nime bak o. Şunun okşaş bu bizim meşçiler bir nesli şu kayırını tüzütüşünü bilemeye kalımız biz. Emmi yeri hata. Şunun için ya bir rejim degendim o devlet rejimi degendim o devlet degendim sovereign state degendim o rejim degendim o bir ünlüler ya. Oyo kala bu milletin ılgı kalaymakan kalıp abi yıkın ekelsiniz hem de üstüdeki nimige. Şu üstüdeki birinci kağıt Dünya Uygur Kurultayı'nın bütün halkımızdan kat mehbi yuşurup gelken nizamnaması. Bu nizamnamasıga qarasınız, şu Dünya Uygur Kurultayı'nın nizamnaması. Tamam. Bunun 3. maddesi qarasınız deydir ki Şarkı Türkistan halkının insan hukuklarını qoğdaş, demokratiya berpa qilish, yani ötüm halkımızın öz taqdirini özü belgilash hukukunu qo'lga keltirish uchun harakat qilgan. Dünya Uygur Kurultayı'nın g'oyasi Abyanqi abi bizni tillagan milliy aslanlık bölgünçü degan yalan xabardim deydi ki Dünya Uygur Kurultayı'nın g'oyasi ishg'ol ostidagi davlatimizni asliga keltirish to'simi bularni avtonomiyachi deb tilladı deydi. Yo sizlarning g'oyanglar unda emas. Sizlarning g'oyanglar o'z taqdirini o'zi belgilash. Endi misolan deptagimda yozib qo'yib, manda qilavergan bo'lmamdi. Yo, u g'oyangizni o'zgartirmaysiz. Masalan, Hamasning g'oyasi bor, Isroilni biroq yo'q qilamiz degan. Deptagi bunda yozib qo'yib boshqa ishni qilg'izdimi? Hozir g'arb davlatlarining birinchi deydigan narsasi Hamas Isroilni yo'q qilishni nizomnomasiga yozib deydi. Bundan da qutlanmaysiz. Onundan keyin bu yerdagi masala nima desangiz, o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lida mansimiz mayli. Men oldingi programda dedim-ku, bu yerda asli masala yo'q. Ammo indigenous people bo'lib elib 4-maddasiga qarasangiz, 4-maddasiga qarasangiz, avvaliga men qonun o'qidim, malani o'qisam bunday ish yo'q degan qarinishim, qonunni mandaq so'zlaysiz, manchiji madda deb. 4-maddasiga qarasangiz, biz barliq Sharq Turkistonliklarga vakillik qildigan xalqarodagi birdan-bir to'liq huquq organi deydi. Bu huquqni sana kim berdi? Oliy organi deydi. Huquqliq oliy organi. Ya'ni bu 4-maddasi bilan 3-maddasini qo'shsangiz nima bo'ldi desangiz, biz xalqarodagi birdan-bir to'liq huquq oliy organ bo'ladi. Ikkinchisi biz o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lida mangimiz bo'ladi. Endi 2007 yıl çıkan Indigenous People Kanunu'nun 3. ve 4. uya düşmeyi turan Ahmetcan. Hem de Indigenous People Kanunu'nun 3. ve 4. maddesindeydi. Indigenous People'ların öz taqdirini öz belgileş hukuku, avtonomiya alıdığan işki öz taqdirini öz belgileş hukuku deydi. Yani 2007 yıl çıkan Indigenous People'ın 3. 4. maddesi ve Dünya Uygur Kurultayı'nın nizamnamasının 3. ve 4. maddesi 4 maddenin bir yeri toplasanız çıkıdığan mana şu. Biz avtonomiya yolunu ketyapmiz. Öyle. Bundan başka mana çıkmaydı. Hem de nizamnameler bu. Mal 10 terpiga ötkürsünüz. Hazır görürsünüz ki Dolkun İsa Efendim'in mal 10 terpiga resmi. Bu nizamlarning manda bizning koni Uyg'urcha asli yozig'imiz bo'yicha yozilgan nusxa yo'qmi ekan? Onu bilmeyim, ben İngiliz söylem bu şöyle bağımında. Ola adette şunu asas alırdı bu Latincini. Anki ma 10 terbiye karısımız nimide Dolkun İsa Efendim deydi. Bizden maksadımız müstakillik deydi.
Nizamname'den emas. Nizamname'larda öz taqdirini öz belgileş, hem indigenous people bulup alsanlar, işki öz taqdirini öz belgileş oludu. Avtonomiya yolu minvatsizlar. Onun dikin bu Uygurçada İğizda müstakillik, nizamnamede öz taqdirini öz belgileş, hem de asla uçuşun İngilizce'den imdatı dikin. İngilizce'de avtonomiya. Av sol terpi götün İngilizce dokulatıdaş kızıl sızaplı hayyan yıkılıtın. İngilizce'de avtonomiya ilişimiz gerekli. Uçuk devam etsile. Yani nizamnamen öz taqdirini öz belgileş. Reisimnin tabulun bir kıstalga vakti deydiğim gibi müstakillik, İngilizce'de avtonomiya emiyede. Bir sual sorayım. Bu bizga manda qilib nima qiladi? Masalan, pul yurayotgan yerga, pul ilayotgan, yordam ilayotgan yoki mushu yo'lni mansang anakan qo'llayman deb beshinchi silayotgan mashoyixlar, bizning xalqimizga manda mustaqillik bu deb da'vatgan chog'dagi kitoblarni ular qanday tushuntirdi? Ya onun çatı yok. O karak bandaço. Yo'q, demak shularga mushuni qanday tushuntirdi bo'lmasa, mesela manda deydi, a yerga an yozsa, mesela ma qizil ko'zliga yerga ma yerga yozsa, mustaqillik degan gapni yozsa, ma nimaninki yo'li taqiladi deydi. Shunami? Taqiladi. Ammo dizda qolmandi. Karak Ahmetcan. Erdoğan ötkende manda dedi. Avustraliyalik birisi aşağı berip tikaylik terörçü dedim o bizim yardım kıldı qoğulup etkenliğimde bu saylan vakti aldığım Cumhurreis saylan vakti Erdoğan'la da bir gap kıldı. Avustraliyalikler bu yerga kelgan Avustraliyalik haddini bilmese ecdadını biz qandaq qoğlagan bolsak şunda qoğlup etimiz dedi Erdoğan. Diyendi bunun ertesi günü Avustraliya Türkiye'ye diplomatik not tapşırdı. Meyadaki başyelçisini Tashqi ishlar ministerliği chaqirdi. Sen nimda atsa dedi. Bularning degan gapini nima bilar misiniz? Elchisini Meyadaki Türkiye'nin başyelchisini Erdoğan uni ishki siyoset uchun degandi. Sizlar xato tushunib qolmanglar, diplomatik darajaga ko'tarmanglar. Ishki siyoset uchun deyilgan gapdi deb turibdi. Ya'ni devletlerin siyasetçileri ishki siyosetida yengiman deb xalqiga o'z gazni berdi, shundan so'zlaydi. Xalqaro sahnaga chiqqan vaqtida eliqi ey Almanya bir narsa tugaydi-chu xalqaro sahnada ular yo'qolib ketdi, kirdi g'ayri kirdi, xalqaro sahnada boshqacha o'tirdi. Shuning uchun mavu Doktor İsa Efendimlerinin Uygurlarga vay mustaqillik, vay bizimi degan gaplarini eni diyorsa hemisi to'g'ri tushunadi, xalqning so'zga solgan gap deb. Bunda Erdoğan'ın Avustraliyaliklarni ecdadiga o'xshash qo'g'linimiz degandan saylanmış için bir sos kişikelliğini bildi emmedim. Şunun için bunu mu emmeden bildi. Siz anlamadınız ama cevabımı tekrarlamayma ötketiyoruz. Halk anladı mevcuydu. Tamam. Yani mesele şu. Nizamnamede üstadını öz belgileş. Uygurca sözlügen tabulun kıstalganda müstakillik. İngilizce'de avtonomiyede minvatıdırızdan teşkilat. Bizim iddiarımız şu, bu aldamcılık to'xtatish kerak. Nizamnamangda nim bo'lsa, tilingdimi shuni de, inglizchadimi shuni de, uyg'urchadimi shuni de bir yo'lingda man. Ammo nizamnoma boshqa narsa yozib qo'yib, uyg'urchada mustaqillik deb, inglizchadagi materiallarda yoki medialarda Abdul Nuri Türkel efendim bu yerdildimi cuma El Jazeera'dimi dedi o'xshash avtonomiyani nima demi dedi avu. Channel Photo'u da 4. kanalda. Yani bularning bir nimasi var hozir men vatkan İngilizce avtonomiya deymiz, dokladlarda avtonomiya deb yozamiz. Nizamnomada o'z taqdirini o'z belgilash, xalqning oldiga chiqqanda test kelganda mustaqillik. Baş Kanada'daki biz mustaqillik yo'lida men vatimiz degan gapni inglizcha deb baqay. Doktor İsa efendim. Bir inglizcha deb baqay ko'rib baqaylik. Şu. Endi en oxirgi betga o'tsak, men imzoni to'g'riliq nimani devtay. Hoş. İmza toplaş hareketinden ben en ahire kaplayıp bir video aldı bilen. İmza toplaş hareketi toskunçılıkı uçurdu. Bu da emanlar bildiğimler. Lakin biz kanuni sebepler tüpeyildin. Biz neyle
shikoyat qilgan e-maillarni amaliyotga keldi bana. Mening hisobimda ichilib qashqim bana kelib qoldi bu. Aslida tashkilotning hisobidan qilsak ham yaxshi bo'lardi. Bu e-maillarni biz ko'rsatmayotganmiz. Qonuniy sababdan. Chunki torbetning onun bilan jiddiy yo'q ekanda. Ularning kelgan e-mailni biz ko'rsatmayotganmiz. Ammo hozir kelgan nuqta shu qarindoshlar. Bu chiqimchilik nimalarni tushuntirish yerida o'tib bo'ldik. Hozirgi masala ular deydi imzoni qayta boshlanglar deyapti. Biz deymiz 1200 imzamizni qaytarib bersa ashyadan boshlaymiz deyapmiz. Shu talash tartishda. Hamda ular deydi balki texnikal jihatdan ani blok qilib taqab qo'yib turmasdan o'chirib etilib qolgan bo'lishi mumkin deydi. Ya'ni u bizga demaydi ki biz purdukchu bu gapni. Shunga agar o'chirib etilib qolgan bo'lsa, qaytadan boshlashga majbur qoladi ekanmiz. Shuni degizganmay bularga o'xshaydi degan keldik. Salih Xudoya qarindoshlarimizning 100 ming kishilik imzosini mushunda to'xtatdik. Bunu jarayonida xabar topdim. Mushunda chekimchilik qilib yurib, ashuni necha qitim to'xtatdik, ammo oxirida g'alaba qildik. Shuni bizmi g'alaba qilamiz qarindoshlar. Shu juma kuni Turkiyaning vaqti juma kuni kechda ya aşağıdan başlab davam qilamiz yoki bo'lmasa yangi imzoni boshlaymiz. U narsani qilamiz. Endi ertaki jumami, budaq jumami? Ya ata, budaq juma emas, ata. Endi nimaga kelsak, uni boshlaymiz qarindoshlar. Shuning uchun hammalar bu hozir to'xtagan ishlar, bu narsalar menimcha ijobiy narsa bo'ldi. Ama hech kim to'sayamaydi qarindoshlar. Biz buni to'saymiz. Hozirgi shu Gandhining hozirgi rasmini ko'rsatayotgan, ashada men xalqqa bir ko'rsatayotgan narsa. Ashuni yiqillasangiz, bo'layotgan ish shu qarindoshlar. Mana bu Hindistonning tinch yo'lda mustaqil qilish harakat qilgan rahbari Mahatma Gandhi. Buning bir gapi bor. Agarchi qarindoshlar biz haqiqat yo'lida mansak, bo'ladigan ish shu. Birinchi yo'li ular bizni ko'zga ilmay chatolmaydi. Esinglardimi bu Facebook'ta qurilgan tashkilotlarni biz anglab baxmadik degan odamlarni ko'rganman. Oldinda chat olmaydi, ko'rinmaydi. Undan keyin bular zangli qilishga boshlaydi. Undan keyin bular yana biz izchil mingivaga vaqtimizda biz bilan so'qishishga boshlaydi. Va eng oxirsida biz yana davomli izchilligimizni saqlasak, biz g'alaba qilamiz. Bo'layotgan ish bu. İşida bizni ko'zga ilmadi, ya'ni diqqat qilmadi. Keyin bizni o'zicha zangli qilishga boshladi. Endi hozir so'qishishga o'tdi. Ammo quruq yolg'on gaplar, yolg'on iddaolar, tuhmatlar, WhatsAppning topida g'o'tildashlar. Ammo bularni bilmaydigan bir narsa bor. Biz bunga ko'nib qarindoshlar. Biz Amerikaning Ömer Kanat efendim boshqargan bir pishti vaziryapti. Bizning tillab hammasini nim qildi. Biz shu davrlardan tortib bu da'voning ichida bor. Biz ko'nak. Onda yaqin gaplar bilan hozir Allohga shukr sizning mustaqil mediaringiz var. Yaqin gap bilan bir adamni jimiqtirib o'tmaydi. Shuning uchun inshaalloh qalb qilamiz qarindoshlar, shu kechda yo qavoyadan davom qilamiz. Istanbulning vaqtini avatimachi bu. Juma kuni kechda yo qavoyadan davom qilamiz, yo qaytadan boshlaymiz va bu imzoni biz yig'amiz. Bu imzoni yig'gan vaqtimizda undan keyin Dünya Uyghur Qurultayı birdan bir tashkilot degan xitini o'chamiz, shu imzo o'chamiz. Abay deganimdek bir şey to'g'ri kelib qoldi. Turkiyadagi qarindoshlar bu imzo ishida, indigenous people ishida Xitoyning qo'li bor degan fitnani taqdivatganligini bildim. Uni isbot bilan demay, o'zi yaxshi ko'rmagan yoki o'zi ko'tamchilik qilgan odamga qarshi turgan odamga Xitoyning nimasi bor deydigan yeri bu eng oxirgi amal uchun bularning. Bu yerda o'tib ketsak amal qilmaydi. Shunga abay deganimdek, u yerda Xitoyning birisining qo'li yo'q. Bir bosh var, bir düglek baş o gapning keynida. Tamam. Bunu Türkiye'lik qarindoshlar yaxshi biladi. Xo'sh, endi mening qarindoshlardan bir savolim bor. Sharq Turkiston yoshlar qurultayiga pul berganlar qo'linglarni ko'taringlar. Hech kim ko'tarmadi-ku. Hech qaysini pul bermadilar. Hammalarning savol so'rash huquqi va so'ranglar. Xo'sh, men so'ray birinchilar. Xo'sh. Hozirdan boshlab aziz qarindoshlar, telefon yoki inkas yoki har xil shakldagi qanday savollaringiz bo'lsa so'ranglar.
Dilyar efendi bilan ekrandan tanışkandan beri menden her qanday soğan soğsanlı boludu diyen bir yeşil kartısını çıkargan. Şunu sorayımız. Efendim, nima uchun chechimiz yo'q degan savolni so'raymiz endi, o ayrimlasa. Har qanday savol so'ralsa, onun bir chek bo'lishi kerak. Ya'ni millatimizning, xalqimizning manfaatiga munosabatli bo'lishi kerak. Sharti bu. Bir qarindishimiz telefon urdi. Assalomu alaykum. Kim bo'lasiz? Ismingizni deyitib, ana ekan so'zingizni. Assalomu alaykum. Men Musabe qarindishim 2018'de şu Dünya Uyghur Kurultayı'nın ki xalq saylamını etiş doğrusunda bir katkısının bir tökpüsünün hoşlanğanlığını dep ötdi bu programның başında. Ve şu yıkıllardı mı şu 7. nöbetlik kurultayının başında mı? Anidinin ki ayallarını cihnim kılış, namzat köstüş ve xalq etiş degan dekaşlıq gaplardan aldık endi. Sualım şu endi. Onun dikin Nadolkun efendim şu Amerika'da hep sözlügen vaxtıda mundaq dedi. Biz müştaq ıslah kıldık 7. nöbet kurultayda ıslah etpadık. Yeşi 18 yaşını aşkan saylam hakkı boğan xalqaralıq ölçemler boyunca her qandaq bir şart Türkistanlıqni özünün vəkil qılalaydı da başlıq bekitdik dedi. Dep boğandan keyin, anadan keyin bu baştaki elqi 1 saat 3 minutluk mu, yak 1 saatlik gibi de boğan gap. Keyin qeyrindaşlarımızın birisi, akıllık bir yaş qeyrindişimiz kolunu götürüp sual sorduydu Okun efendim dedim. Senin şu vekil nim qıldığanğa, müştaq şartları baka, pul bergen, yoki munda qıgan, onda qıgan degan şu özünü namzat kösetken deydiğandek müştaq şartları baka, vekilga qabul qilish uchun deb qilgandan keyin buning tushunchi berdi. Men sizdan so'raydigan savolim hozir siz shu 2018'de müştaq bir projeni izleyen bo'lsangiz yoki sizning fikringizda muhalefet tarafdagi boshqa partidagilar, boshqa tashkilotlardagilar bu oliy darajalik quotation, oliy darajalik o'zlarini deb turib, müştaq bir tashkilotning ichiga bedel pulu bermay turib qanday kiralaydi? Bu birinchi savol. Endi o'zing degan gibi har qanday birisi vakil ko'rsatlaydi deb bu oxirsida andaqilqi albatta mundaq shart qo'yamiz deb boshqa gaplar oxirgi gap o'xshamgan chiqib qoldi qo'y endi. Bu birinchi savolim endi. Sizning ash yozgan nimangizda qanday yozgandingiz va kelgusi qanday birlashimiz deb o'ylashyapman qo'y endi. Bu birinchi savol. Tamam. Rahmet, ben tezli cevap vereyim. İkinci sual ne? Soruyu deyim o ya kesel durup sorayım? Soruyu. Soruyu okey. İkinci sual. Bu indigenous doğruluk hem de ahırki gap ne? Elbette ben bu bek iznıvatıma 3 hafta burunku cuma günde siz oturuğa taşıdınız. Ben bu şu sebepten nurgun neslen ügün vagan boldum. Rahmet fukam. Bununki ahırsı to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, abayda nayt yaxshi bir gap qildingiz. O'qigan birisi chiqsin, men bilan bir munozara bo'lsin. Hammamiz bunga ko'ngil bo'lyapmiz, to'g'ri. Albatta, men istinotime hozirgichalik oxirgi bir toshkini qo'yganim yo'q taxi. Va shu yakshanba kunki nimada men savolimni yozib do'stlar efendimga yetkazgan bo'lsam, mening savollarim javoblanmadi bu yerda. Nurg'unxonning savollarini so'rayman deganlarni so'ramabdi. Ben bir yerde Dolqun efendim, mening shaxsiy ko'z qarashim to'g'ri dedi. Ammo shu Dünya Uyghur Kurultayı Teşkilatı'nın içirken nurg'unlar buni xato dedi vaqalni kechiringlar. Ama bir yerde şu başka falanchi bukunchi bilamiz-ku kimlarning nechvaqtning yaqi Osiyo Uyg'urmi bu mush to'g'ri degan mustaq bir kurultay teşkilatı'nın içinde ikki o'xshamagan bir fikr iqimi paydo bo'lib qoldi. Bir yerde Dolqun efendim nemishki to'g'ri dedi, o'zi shu maqolni o'qib biqib tushunib to'g'ri dedimi yoki xalqninki fikrini nim qilish uchun to'g'ri dedimi, ash tarafga mundaq bo'lib qolayki bilmayman, nima deb to'g'ri dedi deganligini tushunamay anqirib mundaq shok bo'lib qoldim-da, chunki butun Dünya Uyg'ur Kurultayidagi a'zolari buning xatoligini, yo'qligini deb aytgandan keyin bu mencha to'g'ri deb ve bu müştaq bir munbarga chiqib shaxsiy fikrini qilish to'g'rimi sizcha? Bunda qilgan vaqtida xalqning qolisi qaymiqib
aralash bir uçur berib qo'ydi xalqimizga. To'g'ri yo'lni xalq qanday topdi bu yerda? Mix message da bu yerdagi. Men buni pek muvofiq ko'rmadim. Bir xilqi mas'uliyat ya agar bilmasam men deymanki men nechoq deb shunda oldirash men bunun qaramidim. Men bir iznim taqay, mush bir ishkatning cho'qim xalqqa bir javob bermay, bu savol yaxshi bo'ldi yoki undaq deb deyish kerak. Men bu javoblar bilan mening qallam texim qaymoqib ketdi. Shunga mushtung bir deydigan gapingiz bormi ukam? Rahmat. Qo'yibetdim. Baxsimra. Birinci suali ne oldu? 2018 yılında ben bir plan layihası yazdım. Dünya Uyghur böyle Ali Kengeş içilatqa vaqtida bunu yazıp şu G20'de bize bir grupda lobbyçilik vaqtqa vaqtimiz. Bunu G20'dekilerden bir haberi var. Bunu Dilzat Efendim'e verdik. Verip şu nimige apırış için Ali Kengeş'e. Apadi onu okuyamadı lekin tabii ki ya teklif fikirler okulmaydı o yıllarda bilimiz. Bu yo'qolib ketdi. Chatog'imi degan hech kim. Ham diqqat qilsanglar, bir nuqta diqqat qilinglar. Bu yil 7-oyda Dunyo Uyg'ur qurultiyi saylam qilish uchun jiddiy qaror oldi va 8-oyda xalq saylami o'tdi. Bu nima desanglar qarindoshlar. Bir oy oldin qaytinglar. 6-oyning 4-kuni nima ish bo'ldi? Uzayliqi Xitoylar bilan yig'in ichib, ikkimiz birga sizlarning mashruiyatinglar yo'q. Eyvallah o Xitoylar bilan yig'in ichib sizlar avtonomiyachi deb biz toza urdik-ku, bizga vakillik qilolmaysizlar deb Donbaqni urgandan keyin, ya Kaltakni urgandan keyin ularning esa 2018-yilda tashlanib qolgan eliq plan loyihasi keldi. Endi gapning rostini degan vaqtida bu saylamni biz qilg'izdik. Tamam. Yani mecbur oldu demek. Buni qarang, siyosatda buning ismi var. Sevze ve Kaltak taktikasi deydi. Aldı bilen sevzini berimiz, yani ma planını kalanlar yaxşı oludu teşkilatqa deb bersiz. Vergendiki onu yemeydi o sevzini. Çatığı yok, jürüdü. Bunun kendini tazı vaktini toğırlap durup ma yakı Kaltak'tın birini ursunuz. Aylık sevzini yemi geldim, don Kaltak'tın sevzi yaxşı geldim, ani yeydi. Şunun için bir şeyde biz o teklifini berdik, yani məqsəd ıslah qilish ve özgersin. Berdik, harımidi, çatı olmadı. Şunlar teyvelliklerle aşkan jığını fırsat tutup Kaltak'ni urduk. Şunlar aplaş xalqqa vekillik qilish uchun saylam kerak degan narsa esi kelib, ani qildi. Endi men uni yozgan vaqtimda, uni yaqinda chiqarib qo'ymayman oldimizga bir ikki kunda. Mandaqchi qarindoshlar, men kompyuterning qattiq diskisini almashtirdim. Shuni hozir qilayotgan ishimda qattiq diskini qaytadan silib, nima qilishim kerak ya, shu burunqi bir yilning oldiki materialni hammasi ashadanda qolib qolibdi. Shunga men almashtirgan vaqtimda Indigenous People'ning koni doklatiga bütün rangsiz resim ishlatgan. Hozirgisi yenisi rangliklarni qo'shib qo'ygan. Uning bilan qo'shib, shu Dunyo Uyg'ur qurultiyiga sungan taklifimni e'lon qilaman orada ko'rsizlar. O saylamga planini kim yozibdikan va hatto bular ijro qilib unimasa sevzi Kaltak taktikasi bilan biz qilg'izdik buni. O'zining xabari yo'q. Shuning uchun hamda bu odamlarga biz yozgan vaqtimizda hozirgi xonimdan so'ragani ularnigan o'qituvchilar qanday kiralaydi buni shart qo'yib olsa deydi. Bu to'g'ri. Biz men uni yozgan vaqtimda pul vakallikni qilinglar demagan. Faqat vakillar saylamini qilinglar, har bir yerdagi tashkilot o'zining vakilini yo adamini avassin, oyadi berib so'qishinglar, so'qashni yoshi majlisga yig'ilib degandim. Lekin bu saylam bo'lmadi, tanlash bo'ldi bularning uchun. Yani her bir yerde nerede saylan buldu? Avustralya kanada saylan buldu. Nerede buldu? Japonya'nın nerede saylan buldu? Belki benim beşim Türkiye bilen bir yerde buldu. Kağa yerde saylan bulmadı ki. Hemisi erayal konu çöp katlar vardı hem de. Şunun için boğan iş bu. Ular kirenmeydi. Çünkü bu yerde saylan bir. Biz yazman ben evetken o plandaki neyse bulmadı. Hem de kileyle nimige. İkinci sualı da Dolkun İsa Efendim bunu doğru demde gap almıştır koydu hanım. Hata dedi Dolkun İsa Efendim ama aylık burunqılar doğru dedi. Çünkü bu hanımın sualı bu Dolkun İsa okşumaydıgan cevabını neymiş için verdi bunda beğenmiş oladı dedi. Benim cevabım şu. Dünya Uyghur Kurultayı'daki hazır hemmeyle bildi onun hatalarını. Indigenous People'ның hatalarını hemmisi bildi. Ama bulup mu mağrip teşkilatları ve başkalarıyla bize Indigenous People emas deb
bayanat vergendikken, emniyet o bayanatlar bu kültürlük nesle. Çünkü asman kızıl emeğes degendekli bir bayanatçı o. Bizim asman kök zaten. Onu kızıl desem gözemde mesele var. Bizim o indigenous desem senin biliminde yakallandı mesele var. Biz indigenous emez. Şunun için bu nesle çıkardığın ki Dünya Uygur Kurultayı'nda bunun hatalarını bil diyemesi ama aylığa beşil yaman igiz götürüp keşke hem de hazır hatta şunu bilmeye vardı çoğular doğru bu diyen mandak devet geldi. Şivesiye'de ama Avustralya'da, Anki Gollandiya'da, Norveç'de birkaç birinci numaralık kötülükten kıyırdaşlarımız mı bu gittim aldığı acayip çıkıp kaldı. Hem de onlarını kapkınmay durup kanda kendini çekiniş. Kötege vaxtida kendini bir kadem çekiniş yoluna ep koymagan çoğular. Bütün küçüğülü kötegeşke hem de kanda çekinişini bilemedi. Ama Dolkun İsa efendim udul mudul kegeşke bizim Şerif Türk'te Yaşlar Kurultayı'nın taşkışlar mesulümüz sorduğu sualdı. Udul mudul kegeşke amal yok etraf kıldı ona hata oldu. Oçuk diyeni. Emniyette hemmisi etraf kılış gerek. Bu nes hata dep dedi ki a orundan ataktının kendini çekiniş gerek. Bizim milletimizge doğru kelmeydi o. Kelgüsümüzde mi müstakillik yolumuzu tosuydu. Cevabım tüydü. Hayatın iki telefon benim kendin yapıyor. Alanmagan idi o. Şuna bir kaytıray. Rukiye Turduş Hanım'ınki dags uruptu. Belki incinizde ola kadar depirdiğinler olmuş mümkün. Pul vermeyenler mi uğrup sorar? Selamünaleyküm. Ha, aleykümselam. Qanday ahvallar yaxshi to'ldimi? Qanday Ahmetcan ahvalınız yaxshimi? Yaxshi, salomatullah. Xo'sh, ovozdan hammayla anglayapmiz Ahmedandan. Nima degilar bo'lsa anglaymiz, marhamat. Şunu qildim desem bayağı alamay qaldınız. Benim başka sualım yok. Bir tavsiyelerim var. Xo'sh. Bu şu indici meselesi, people meselesi doğrulukça. Ben şu indiciniki people'ların içinde bir 8-9 yıl şularınki kasapxanama İngilizce Slaughterhouse deydi. Kasapxanasını icare edip 8-9 yıl işledim. Yani şulardan bir işledim ben. Yani şu icare aldım ama şu ulamın yaxşı kalıkken ama onu burun düşünmey, unaga haklım kokap barammadı iken biz yeni kelgendiken ben şimdi icareli ve kiriplan bulul bildi işlevirdim ben. İkinizi yolladım ben vakt maşinayı demey Abdülzülü bana atısı ama şunun sakçıları var ayrım yüzünden. Yolladım beni tosap sakçılar ne çıkarttım yüze Salloran deryasını götürsek görüktüm metronun yeni apır koygan yerleri var çoğuşlar. Sizin indigenizden qatar muamele qilsa yaxshi. Hem de o dünya naat yaxşı gapni qildi, onu men başka gaplardan sual so'rag'aydigan sualim yo'q, men yüzüm naat yaxshi tushundim. Xo'sh. Hem o'sha indigenizning ichida bo'lgan ekan men buni misli bir tavsiya qilib qo'yay. Bularni o'sha 50-60 yil so'qishyapti ekan Fransuzlarga va Kanadaga. Bular o'rmonning orasida jurganda ekan, bular bu quruqlik naat yeshillik yaxshi ekan deb chiqiblar. Okyandan keliblar bu yani egallab tursalar bu o'rmondan chiqib okyan bilan qo'lini etib ularda qural bo'lgan ekan buni etib shuni urush boshlanib 50-60 yil 100 yil deydimi ayda so'qishyapti ekan bular. Keyin dizgan buni inglizlar kelgandan keyin biroz bu urushni besib ekan biroz inglizlarni qo'shib kang bo'lganlik uchun davlat qurib bunda qilgan ekan. Endi bularning ayollarini o'ldirib, bolalarini o'ldirib bu qirg'inchilik chiqib bo'lgan bu vaqtlarda. Xo'sh. Shundan keyin bularning har bir territoriya var. Men To'g'ayda 8 ming indian bor. Bular Mohawk deydi bunlar. 8 mingi territoriyadan 5 metr 10 metr yer meniki deb chiqolmaydi. Başka bir yer to'ltilis chiqadi, bo'lmasa chiqolmaydi. Territoriyaning o'zida yashaydi bular. Yana şu bununla köpekte içki yedi var benim bilişimde. Hazır ben Ontario ülkesinde içki yedi var. Calgary'de var, Edmonton'da var, Vancouver'da var bunlar. Enandikiler Şimal Muzukan Rusya çikrisinden var. Hazır hem de bulağa
devlet kuranmaydı. Bunun marifi yok, mektubu yok, kuruluşta öy sanmagan, kiyim geçek kiymigen, yava hayvanatını soyup yap tutla, bizden şu Kırgız Kazaklar koyup çarıvıda kandak köçken bolsa, çedir bargen çıkıplan, boğulunun tiyerini kalının tiyerisini şunu yögep çedir kılı. Aşındali yaşayan hakiken ama buğday konakları yok. Bulanın yaşadığını aşında. Şunun için bula şu Amerika'nın yanında bulanın devlet kuruşu bombayı doğuda bikti ötken gepken de bunun kanunda. Bulanın işim devlet kurup bakmagan diken. Ama bula bir netçe kabile bula. Ama birbirinin dilini birbirisi bilmeydi. Ama Türkler deydi, bunu Kızılderili deydi Türkler çok. Bula yüzü 25 bin yıl olgan, biz taraftan bilinip ketken de qaraydı Türkler tarihte. Kimisi mi Rusya'nın beşede, yine hazırma YouTube karşısına bilirsiler, buğulunu terik tutup, bekip nurgun buğunu çanı da edip, yine şunun soyap, kuşunu yap, kan mı yap, pişirip mi yap deydiğin aynı ama eğrileri de çapan işten kiydiğin Rusya'nın çetidin bazı. 40-50 gradı soğuklardı mı? Yutup görsen olurdu. Bunlar hop muhşaş. Ulan Türkçe biraz bildi. Muşulamı bizge okşaşlarım var. Mongol okşaşlarım var. Kazak'a, Kırgız'a da okşaydım var. Hemimiz acındaktı hem de. Şunun için bunlar katli devlet kuranmaydı bunlar. Hazır Kanada hükümette bunlardan kançırek fıldisi birip şu teşkilini bulunup bakıdı. Ama devlet baş dilimeydi o. Başını devlet bulup duruyordu. Ama şu kim oldu ama Vancouver'da bir ayalaş, muhavak ayalken Al Jazeera'ya muhbirga söz avadı da karsak televizyonda. Neçimin adımını bir de kırgın kıygan depçe. Bunlarda da bazı hem de okup İngiliz'in yaş ügünüp hazır oturup çıkıp ancımın söz avadı da. Sözlügen bilen bula epri suraydı, lakin teritoriya çıkanmaydı. Belgelep koyga yedin. Hazır bizden halkımız düşünmeye ona, ama dünya avdan onu tepki çıktı. Bizim onun için onu sıkmaktı. Bizden rukiyen bilirken bu musulma, ondan diyen de bana mı demekti. Fıkmadı maçboda sizden şu ikranı çıkavaktı da anladın da, onu bana demedi de, herkes demedi. Ama yakşı bilemem de onu devamlı günde birisi gelip ettiğinde kaç kişi bizi çıkışkanda oturdu da. Gün işçi. Bu mesele ajında bu indigenous meselesi degen naydı mürekkep biz Uygur'a katli düşmeydiğen mesele o. Bizden ecdadımız ne çıkarttın devlet kurgan, muş eseri çıkarttın devlet kurgan. Ali Keniş degen men bağan. Ben bağınımda Drabikan Tolu kilinde men berip şöyle jığında sözlüge vaxtında Güllandiya'da bir eylem var, bu da aklının yağırsın, bulu dedi bizge degen gapını kılıvedi. Şöyle birinci ketim ben şöyle karşı çıkıp bunun biraz tegdim. Şunu olandın, biz bu şirketim devlet kurgan dike, bu şirketimde kurgan devletimizi eksik getirişimiz gerek. Biz chet elde bu şu davanı kılışımız gerek de ne de hiç kendiki kopap kettim ben. Ama keyin onu öz takdirini yüzü belgileşlep koyaptı. Ama Ferhat Yorun Kaşı'nın yüzü bağmak diken 18 bet aptının yerde yüzü üretip diken şunu ukbet aşağıda. Aşağıda onu mu anladım? Şunu da biraz açıkım gelip şu götürüp ketken ben. Hem de şununla hem de bu Ahmetcan bu indigenous people xatarlik iş ma var. Hoş. Eğer de bunu BDT'da indigenous ama indigenous people teşkilatıga bu materyalini yazıp anda sunmagan bolsa bu bir gap hem de bunu sungan deyken bizning qo'limizdan seytnochi ulan ketini açıp bizi götürüp bağandaklı bir iş yaptı hazır çok bu. Endi bunu qanday qildingiz? Bunu çokum aşı teşkilatın bunu qaytırıp almagıca o xatarlik ma o. Eğer de biz müstakil olab qilib favqulodda devletler uruşup bizim aşı
Biz onu tatip edip müstakil devlet toplasak, eğer devlet bulamayız da, bu Xitay'ın karmakıdaki bir incelikçi opalımız da vaktada. Bunun yol yorukunu belki Xitay gözetken plan buluşu mümkün. Burun Erkin Elifbek'in bunun reisiydi, maun reisi. Lekin devlet yok milletlerinin reisine de cüget. Tövcü oldu, dolgunluğu ötküzep verdi bu ne? Bunu kabul düşünmeydi, avcaydı. Indigenous alakadar yani... Maun reisi, indigenous maun reisi olunan. Şuna acığının kadıcı ola. Yani bunu hep taşıran deyken, bu pılını cıkalımızda bir yerden. Devletlerin biri de o, kapitalistan biri de o, baylar biri de o ne? Şirketler biri de o pılını. Devlet hem bir yerden ağan deyken, hem uzun menfaatlenmem de buluduğun işken bu dep, mani yazaylısı makul dep la, yazıp tapşırı etken kep ağlaçıyor. Hem de bunu hep taşıran deyken, isavatını, belge vurun, sıkıldı bularla. Minimce. İsavatını şurada kılıdı. Belge vurun bir kanı çoğumdadısının pılı yok, bu yerde biri yürüdüğün buluğa. Yani Şarkı Türkistan'ın pılı emez o. Bankı koyup koygan. Ne biçim biri de pıl ne? Gemleye de hani gezip, tapşokan diken belgen pılağı o. Yani çıkması şart buluş mümkün o. Bunlardan diken. Yine getirmen yaplarım var. Bu ne madem de sizlerin ki biraz vaktinden bay. Hem de madeni yarının ki yaptırın naik oruluk yaş yaptı bu balam. Ben bu balının çoğundadısını mı çıktığında bir uçuruş bıraktım tonuyma. Yakşı. Hoş. Onca da. Üleket doğru emret bizi yenip geldiğinizde. Bu dadısını mı tonuyma? Biz bir mağazada oturmuyoruz. Bu okop kandalığımıza bu işine hep çıktı bu balam. Biz onun neticesini yapmışlar durup da bilmektik o. Aşkımın topuzuk kanını basırıp koyganını mı ufukmak top. Ama şunda işli olsa kanında bizim Uygur'un takdiriyle müldam oynayışamdı bu. 40 milyon elden bile oynayışamdı. Hekmetcan. Oylap bakmamsız. Ya 10 elden ya 20 elden bolsa iki. Aman bunun düşünmez ise. Bir devletinin ki 30-40 milyon edimle oynayışlara açma. Hacım sizden meşhur bir sual sorayım mı? Köpçülük emeyle anlattıgan iken. Sizler indigenizler uzun mezgil birlikte yaşap bakkan, aralışıp bakkan bir bulaş sübetleri bilen. Sizin Dilyar Efendi'nin dedi, sual şekilde taşlap koydu milletin izlenişiyle. Sizden bir cevap edişini halayım eğer cevap verse ta hoş olmaz. Yani bizden aşı indigenizler tizimliğe kirip kılışımızdan bugünkü lagırlığa sonlu kılışımızdan münasebeti var dep karamla. Elbette şundan. Ben yakında anladım Xitay, Kanada'nın ve Amerika'nın ki şu parlament azalarına aşı sen Uygurlarını soykırım kıldığın, erkeği kırgınçılık kıldığın dese sen mi indi yalan kırgın bu dedi. Eğer nanlap uyan. Şimdi Tayyip Erdoğan'a şu Badokazır Amerika'nın prezidenti Biden işte bu Ermenilerini kırgınçılık kıygan diyen ki Tayyip Erdoğan mı sen Kızılderililerini kançı milyonla kırgın kıldın o. Onun cevabını ben bizge Pakistan'ımız koy dedi. Çünkü bu indigenisine kaçıra kırıvetse Xitay. Sual cevap yok. Ben de anlap bilenler. Kim bilir de onun cevabını? Amerika birem de ya. Kanada birem de ya. Bizden istedi ba. Avustralya birem de birem meydi. Kim bilir de? Rusya birem de Rusya birem meydi. Bu devletler birem mi gendiken kalan aciz Arap birem de ne? Türkiye'de dedi bu ne? Türkler Kızılderili deydi bulanı canım. Şuna her konuda bir Türk Kanada'ya gelip mütemmeyip kalsa açılıdın öğlense derru gerekli kabul olurdu. Meyli kim olsa katli nazar dünyanın hayırıdın. Bir insan gelip Kanada'ya ötenmişse sen demokrat devlet tutursa seni anmayınız dese açının kızını aldı şu anda gidiyordu. Bu bir. Ama olanın yüzünün pasportu ayrı.
bir ilişkisi var ayrı. Ama başka milletin öğünü de bak Putin'le anmaydı. Yüzünün katlimisi geldi. To'g'ilgan balisi şu mukavvik oldu da ayağın mukavvik olmaydı. Kanun yüzünün kanunu hazır buldu mu? Ama bunun küçüge. Bana şu vaktinden daha bir birinin içinde bir çoğun aileyken şunun için bir tike oku. İcare o yani. Olmasa bunun içindeki bir adamla kirgizişki ruhsat yok. Öğünü setişki ruhsat yok. Yani setişki ruhsat yok. Satmaydı. Ama ulu Mısır'da çıkıp alanmaydı. Valla ben de böyleydi de. Ben sonra nerede tabii da. Ya zavut yok. Ya patik yok. Köp rahmet. Açıkta o yüzüden. Başlığımı hazır olandı güzel. Biz sizinki Ruqyat Turuz için biraz anladık. Ötkende bir plan kıldık. Ayrım bir sohbet kıldı inşallah deb. Aldığımız bir fırsatda sizinle bir avar kıldı. Sizinle bir ayet geçmişten hikayeden inşallah sizler anlayacak. Dünyada oradan şiş buna zizabri var şiş bu ne? Taklamının bildirinde o şiş bu. O mümkün emez. Bizim hazır kırgınçılığımızga Xitay bizni kırganga var bu. Hiç banda devlet Amerika, Avustralya, Kanada, Yeni Zellandiya bu devletler hiç banda cevap veremeydi. Sen kırgınçılık kıldın dep uyduğu ki bunun tedbir kullanılmaydı. Baba sen mi kıyıgan gol deydi az. Bak çok rahmet. Hep yüzünün halkımana bizki takımın yüzü perdima biliydi tuturup inidiydi tuturup ma indigenous people'lardan barken hani mi deyse sen deydi Xitay. Şöndün mememde? Tamam baka. Makul aman bosla. Yüzünüzde Seyit Noç'a şu Yunan Hiti'de yüzürük bitirip bağandaklı iş bu. Boldu. Biz inşallah aldığımız fırsatla tefsili sizden anlayacağız mı? Bak aman bosla. Özün nasılsa Allah'a emanet. Selamünaleyküm. Anladığınız aziz kardeşler, uzun müddet indigenistlerle birlikte yaşap bakkan bir Şarkı Türkistan fukarası. Bu iş kadınlarımızdan birisinin avazını aldım. Yani bir telefon geldi. Telefon olsanız yaxşı aziz kardeşler. Gep yüzde yaxşı, usul tüzdü de. Assalamualaikum, kim bolasiz? İsminizin deyitip, ondan keyin qolgan so'zingizni ya savolingizni olib turib qo'ying, marhamat. Dana. Sorsam bulandaki. Özünüz kim bolasiz? Benim Facebook ismim Abu Furkan. Hoş maqul. Benim sorularım bir şahsi zanat bilen bir kurutuya bir azasıyla paylaşıp kalır. Geçiyoruz zaten zukam ağzım yaşamaz. Şu anda olarak şahsi zanatlarla paylaşıp şu ilginç meselesi doğrulardan mesela diyen diyeler. Bunu sizlerle de kadar karaydı ödüler bu cihatta şunu anlatıp durmaktır. Aşağıdan özü değilsin onda olsa. Size çünkü yani bu gapni başka birisinin gapini götürüp ekilip öz bir digini bombaydı demez mi? Mesela benim sorularımda mesela buldu. Mesela bu hazır mı isklaşımca bu mesela abiyam diğer tepette mesela bizge halkımızga müstakillikteydi o. Ama lekin dokladlarda istatın özgü belgeleş TV Uğur İngilizce'de otonomiya bu değişikliği gibine değildi. Hem de bunların ki mesela gibiden hem de ben iskılım mesela biz o çıkılan mesela müstakillikte mesela kısa okşaş lekin aşağı bile Uğurlar doğru bir praktiklik işler kılışqa to'sqinlik bo'ladi. Masalan, hukumat amaldorlarning amriy qo'lda huquqlari bilan ko'rsamaymiz, parlamentlar kiramaymiz, betitlar kiramaymiz. Ish qilgan chog'da masalan Xitoyni diplomatiyada e'tirof qilgan munosib davlatlar bizlar ko'rsa bo'lmaydi degandek Uyg'urlar bilan masalan Xitoy bilan
atalish mesela işte kelgen çağda ayrıca Uygurlar tanımaydı. Mesela müstakillik talep kıldıran uçuk işte organlarını şuna biz endi bu siyaset diyendeki iskıdır şu bunun kadar karaydı dinlemiş şu ideyege şu dinlemesi mesela alaydı. Mesela halkımız bunu alsın yaşlık ödeme. Bak rahmetimiz. Rahmet qeyrinishimizga bek yaxshi savol so'rdi. Amaliyotchi bu yerda xalqimizning qaymoqtirib etilgan, qasddan qaymoqtirib etilayotgan nuqta shu. Bizni mustaqillik demidi deb qabulayotidimi degan gap yolg'on. Masalan, bundoq bo'ldi qaranglar. Bir narsaga ikki xil javob bo'lmaydi. Masalan, bunga qo'shilamsa, qo'shilmamsa. İki xil javob bo'lmaydi. Mushta da'vatchi hozir hammalar mustaqillik deydi yoki bo'lmasa avtonomiya deydi degan shaklda ma'ni desak nim bo'pti dunyo yo'qlik qurultiyda. Amaliyot unda emas. Amaliyotda yana bir ehtimol bor. 3 xil bo'ladi narsa. Masalan, Ahmedjon, sizdan men so'ray. Siz Ahmedjonmi desam, sizda javob berishga 3 xil ehtimol bor. Birinchisi, men Ahmedjon deysiz. Ikkinchisi, yo'q men Ahmedjon emas deysiz. Üçüncüsü jim turasiz. Shuning uchun bizning da'vat qilimiz mustaqillik olamsizlar desa, mustaqillik olamiz deyammisam, jim turval. Avtonomiya olamiz dema. Misolga, bir narsaga javob berish 3 xil bo'luvchi siyosatda. Bir narsani muayyanlashtirish, qo'shilish, bir narsaga qarshi turish, sukut tutirish. Agarda bizni hozir dunyo Uyg'ur qurultiyining noroziligimiz bular mustaqillik demidi deb norozilik qilyapmaymiz. Avtonomiya dedi deb norozilik qilyapmiz. Sukut tutirib olaydi. Qanday sukut tutirib olaydi? O'z taqdirini o'zi belgilash deb turib olsa, sukut shu. U emas, bu emas. Ammo indigenous people bo'lib o'z taqdirini o'zi belgilash desa, o'z taqdirini o'zi belgilash ishki tarafiga ketib, yana avtonomiya bo'lib qoldi. Shunga men dunyo Uyg'ur qurultiyining 2009-yildan burungi o'z taqdirini o'zi belgilash deb tutib menga yo'lni to'g'ri deb qarayman. To'g'ri va shu yo'lda menish kerak. Ya'ni u mustaqillikmi, avtonomiyami desa, ikkilisini demay, xalq belgilaydi degan gap o'z taqdirini o'zi belgilash. Xalqimiz o'zi belgilaydi, ma'nosi bo'laveradi. Ammo sen buni indigenous people qilib olsan, bu xalqning belgilaydigini avtonomiya alamsizlar, ammamsizlarni belgilashga qoladi. Texnik ichinishlig'i bu Nuriy Turkalapanning yana birisi ekranga chiqib, biz avtonomiya uchun kurash qilib kelyapmiz deb uchiqli deyishga boshladi-ku. Bizning noroziligimiz ma'qul sizlar mustaqillik deyamaysizlar, tamam, sizlarga pul verga majburlamaydi, yana bilim qilmaydi deb xalqni aldimanglarimiz bilamiz. Qanday pul aldimni, qaysi shartlar bilan. Onun kendin ulardan pul algan sizlar shu yo'lda mansizlar, bilamiz uni hammaylar. Adam aldaydigan yerda u yerda oldingi odamga qami deminancha hozir. Mana sizlar endi bu manga yo'linglarda avtonomiya olamiz demanglar. Mustaqillik olamiz demanglar, bu ikkilisini demanglar. Uchinchisini ishiltinglar. O'z taqdirimizni o'z belgilaymiz, xalq biladi. Biz bilmaymiz, bizning shartimiz to'shmaydi. Oshda deydik-ku biz buralarda. Hatta bizden muxbirlar so'rsa, biz boshda deydik, biz bizim diyemaymiz. Xalqimiz belgilaydi. Muşiyada bir samimiy ayolning eri yenida emas, o'zi uyda yolg'iz qilib, eri yo'q, yani so'raydigan. So'rqin qiladigan eri yo'q bir ayolning bir hikoyasi esimga keladi. To dal tushirgan mishaga. U to chaqirdi ekan, bu chaqirdi ekan, bormaydi desa taxa bo'lmagan, yo erimdan so'ray degan bo'lmagan. Kishilarni bo'lsa erim yo'q dedi, o'zi qutulgan oldi ekan. Bunda qutulmaydı ki degan bir shikoyatni olgan. Mana bu hikoyani. Dal kim? Shu tushirdik. Ya'ni mustaqillik demidim deb qanday eslayotmaymiz, erinishim. Deme, sen diyemaysa bilimiz uni. Ama biz deymiz o gapni, biz diyalaymiz. Biz çünkü xalqaro vaziyatda ishga taqildigan shu. Bu programmada men Sharq Turkiston mustaqilligidan Uyg'ur davosiga qanday burmilandi o'tgan 20 yilni qarindoshlar tushuntirib qo'yman bu programmada.
Biz yani Şarkı Türkistan'da manımız müstakillik deyimiz sen diyemeyse tamam. Diyemligen bu sanma karşı yakınmıyor müstakillikka. Yani abdunumiyet deme. Öz dağdın öz belgeç halkımız biliyordu. Biz bilmeyimiz der. İşin kılıverse hiç kadar fikrimiz yok. Onu ki birden bir teşkilat diyen dersini bu kıtım imza bilen uçurumuz onu. Bu imza jırılsa kırındaşlar ayet keşte başlayımız kavayadın inşallah. Yani bu esli imzanın maksidi dünya Avrupa'dan yok olsun ya ki biçit kılıtımız ya falan pokun emez. Karam dünya bu şu yaptım yaklaşım kişiler şunda düşünüyordu da düşman ayağına şu aran biz bir noktaki ekleyen bir yani yok kılam da diyen okşaş bir şekilde karşı bu noktanı aldım tamam ben şunu cevap vereyim. Müşahede unutup kaptıkken ben o slide kırgızışını. Kıyırındaşlar şunu düşünürler. Dünya uyuyor gibimde kesip takip koyunlar halkların bazılarını kaçlar hep aldı ayıtıptı Dünya Uygur Kurultayı. Dünya Uygur Kurultayı Amerika'daki demokratlarının ve Garip'teki Wei Jingshin, Fu Shixiu, Wang Dan degan Xitoylarning ko'tarmachiligini qilishga davom qiladi ekan. Dünya Uygur Kurultayı yo'qolib ketmaydi, xotirjam bo'linglar. Dünya Uygur Kurultayı Jiang Jieshi 1949 Tayvanga Qashqar vaqtida asos solingan tashkilot bu. Gapning ochiq o'rnildi. Tamam. Shu chiqqan da'volar, iliqni eslardan tortib, 49-yil Tayvanga Jiang Jieshi Qashqardan tortib Ashiyagacha shu tashkilotning tegini ko'chilsangiz Ashiyagacha apara olasiz nimasini. Shuning uchun bu tashkilot biz yo'qolib ketmaydi, xotirjam bo'linglar. Bu tashkilotga ega bo'ladigan Xitoy demokratlari va ular shu silab ko'tarib turib muzdigan yo'llar Aqsaray Xitoy yo'q qilinmayotgan tashkilot biz qanday yo'q qilamiz ya'ni men dedim bu ikki taraf yo'q. 3-4 taraf var. Bunun birisi Xitoy komünistleri var, birisi Gomindangchi Xitoylar va bizning avtonomiyachilar var ve Sharq Turkiston mustaqilchilari var. Bunun ayrımda. Yalnız Xitoy ve Uyg'ur deydigan şu yo'q. Buni ayrımda. Yani Dünya Uygur Kurultayı şu Wei Jingshin'dan hazır Wei Jingshin biraz çamdırıp koydu ya Twitter'da özünün qanday faşistligini ama yeni münasibetini oşu aldı bular. Wei Jingshin, Fu Shixiu, Wang Dan yana biznimi degan Xitoylarning ko'tarmachiligini qilishga davom qiladi ekan. Dünya Uygur Kurultayı yo'qolib ketmaydi, xotirjam bo'linglar. Bizning maqsadimiz Dünya Uygur Kurultayını o'rib etish, yangish narsa emas, o'rilmaydi u. Bizning maqsadimiz Dünya Uygur Kurultayını o'tamayoqqa deb solga ishtirib qo'yib, hech qanday demokrat Xitoyning ko'tarmachiligini qilmaydigan, faqat va faqat Sharq Turkistonning manfaatini biladigan yana bir kuch chiqishi kerak. Endi sizlarga budaq programmada aziz qarindoshlarim, buni men o'tgan 20 yilning tarixini ichib birman. Batdi. Hozir mani tashlab qo'yay. Uyg'urlarni hech kim tonimaydi, Dünya Uygur Kurultayı Uyg'urlarni dunyoga to'ntyapti degan yolg'on gap. Tamam. 91-yildan tortib hatta mustaqillik desak, u ishlar taqaldi, bu ishlar taqaldi deb erkin qilib deganning bir nazmlari bor. Yolg'on gap. 91-yili O'rta Osiyo Turk Cumhuriyatlari qurilgandan tortib Sharq Turkiston masalasi, Sharq Turkiston qachon mustaqil bo'ldi, ishg'ol ostidagi Sharq Turkiston deb kun tartibga kelgan. 90-yillardagi gazetlarni o'qib beqinglar. Hatto shunday bir narsani berib qo'yay. 97-97-yili Bill Clinton Xitoy bilan kelishim tuzimizda Dünya Soğuk Tashkilotiga kirdigan vaqtida Xitoyni majburlasa, Xitoylik unamagandan keyin Bill Clinton nima ish qilgan desangiz, aeroplan so'qib o'rayotgan Dünya Soğuk binosi bormi? World Trade Center. Aşının aldığı Sharq Turkistonning bayrog'ini asqizgan Amerika. Xitoyga message, ya'ni sen buningga unamasang Sharq Turkiston masalasi bojumo tehay. Aşının delilleri var mı? Baba, men bu da programda acayip narsalarni ko'rsatib qo'yman sizlarga. Ya'ni Sharq Turkistonning kaltigi, Sharq Turkiston ishg'ol ostidagi, yana birini deb qo'yay. Tunji bo'lib Amerika prezidenti bilan ko'rishgan Uyg'ur kim o? Sharq Turkistonlik kim o? Nima? Anvar Yusuf Turani. Anvar Yusuf Turani nima salohiyatini ko'rishgan shu vaqtda? Uyg'ur deb avtonomiyada bu Turani Atalıs'tan çıktı mı onda?
Avtonomiya, Uyg'ur deb ko'rishganmi yo Sharq Turkiston deb ko'rishganmi? Turkiston nomida Taqashmaydigan-ku. Shuning uchun bu narsa yolg'on qarindoshlar. Bizni aldab boshqa yoqqa aketgan ish bor. Men uni budaq programmada Sharq Turkiston masalasi 90-yillarda qanday kun tartibga keldi? Biz hatto bir amerikalik qizni maxsus izlab tuzdik. Bir amerikalik o'quvchi qiz maxsus mushuni izladi. Sharq Turkiston masalasi kun tartibga qanday kelgan? İşgal ostidagi Sharq Occupied Nation deb kelgan. İşgal ostidagi besilingan ulus deb. 91-yildan 2011-yilgacha qanday o'zgartirildi Uyg'ur davosiga? Bu programmada men bütün isbotlarni ko'rsataman qarindoshlar. Dava burib etilgan dava bu. Shunga Dunyo Uyg'ur qurultiyi abay deganimdek yuqorqi Xitoydagi ko'tamchilikni davomlashtirdi ekan, yo'qab ketmaydi ansirmanglar. Tamam, o Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlardan bekerek, yana boshqalarga bekerek kerak ular. Tamam? Buni tushunisizlar kerak. Xo'sh. Bir qancha telefon bağırdı. Men inkaslarga qarab bo'lamadim qarindoshlar. Agar savollar so'rilib bo'lgan bo'lsa, telefonni olmanglar. Men qaytarib boqay herhalde. Mana bu tugatdi. Assalamualaikum. Aleykümselam. Kim bo'lasiz? Nim demoqchi? Ben Shvetsiyadan To'liq Hamid. Gap qiling. Assalamualaikum Dilyar. Qanday ahvoling, yaxshimi? Assalamualaikum Ahmad Fidoyi efendim. To'g'ri barliq aziz qarindoshlar. Anlayapmiz. Meniki bir savolim borki, agar shu Xudoyim buyursa, vatanimiz mustaqil bo'lib qolsa, shu hozir shu Soliq Xudoylarmi xalqaro jinoiy ishlar sudiga Gaaga sudiga beryapti. Agar shu indigenous people nimasi yo'qolmasa, agar vatan bir cho'ng bir sabablar tufaylidan tuyuqsiz masalan shu Sovetning pochilligida mustaqil bo'lgandek bir mustaqil bo'lib qolsa, Xitoyni masalan xalqaro jinoiy ishlar sudiga tassa, normal odamlar bilan shu indigenous people masalan abiyam bir ajimladimiz dedi, bularni qanchalik qirsa hisob etilmaydi degandek, shuningda bu ikkisiniki normal odamni qirayotgan bilan mana indigenous people'larni qilayotgan chog'da men xalqaro jinoiy ishlar sudiga bersak, arzimiz qabul bo'lsa, shu indigenous people'ninki misol uchun deyapman, jazolash nimasi hech qanday kuchli bo'lmamdi deb shuni so'ramoqchidim. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat savolga, ya'ni hech qanday kuchga yana bir narsani deb qo'yacağım. Ba'zi qarindoshlar bu To'g'liq Hamid Dilyorning adimi deb o'ylab, mening adimim emas-ku, bizning tashkilotning a'zosi emas To'g'liq Hamid. Endi To'g'liq Hamid qarindoshimiz bilan bizning munosabatimiz nima desanglar, To'g'liq Hamid bilan men Sharq Turkistonning G'o'ljidan bir mahallik. Sharq beylar deb malda bir mahallik ishimiz. Ama To'g'liqni men ko'migida 20 necha yil, 30 yilmi bo'pti, 20 necha yil bo'pti ekan. Shvetsiyada qaytadan tanishdik-da, hamda beshida rasmini ko'rib tanmabdi ekanman, kichik vaqtidan rasmini ko'rib tanıdım. Shunga bu bizning adibimiz yo bizning askarimiz emas To'g'liqchimi, buni insonlardan chiqarmanglar. Ammo endi savol yaxshi savol, ya'ni bola vaqtda konuşmanımız vardı ha. Kichik vaqtimizda nima yani men birinchi qitim Dilyar yaxshimi, men To'g'liq deb xat yozsam, men qaysi To'g'liq deb qaytarib ekanman-ku, 2-3 yilning oldida xat yozib ekanman. Esimda yo'q chunki 20 necha yil o'tib nim qilmoqda. Shuning uchun savol yaxshi savol. Indigenous people bo'lsak, Xitoy yiqilgan vaqtida nima bo'lamdi, sotda buning ta'siri bo'lamdi degan vaqt yaxshi savol. Oldindan Xitoy yiqilmay turib, ben hazır sot çıktı o. O sotun ben hükümünü okumadım. Ama 56 betlik hüküm çıktı. Ben geldim ve hükümünü okuduğundan cevap verme. Hazır içilvatka Uyghur sot doğruluk. Çünkü hükümünü inik okuşumuz gerek. Ama şu neresi bekinik. Eğer bu sotta insaniyet karşı cinayet diyen neresi çıksa, bana telefon kırıp kaldı. Eğer bu sotdan insaniyetga qarshi jinoyat degan narsa chiqib qolsa, bu sot bizga ziyonli qolgan bo'ldi.
Çünkü insaniyetga qarşı cinayette jaza yok. Xalqaro qonunda jaza yok. Bu naqash indigenous people'larni soyganlar, o'ltirganlarga berildigan ism ve ularga jaza yok. Eğer qirg'inchilik, genocide chiqsa, onun ikinci qadamga bog'liq. Yani siyasetçiler onu işletemdi, işletmemdi. Eğer siyasetçiler işletse onun faydası oldu. Eğer siyasetçiler işletmese faydası bo'lmaydi. Ve şunu da kesip diyelemem mi Uygur sotida çoğun bir paragraf buludu. Bu sotun hiç qanday kanuni gücü yok deganni o'zi yazıda o yergacha. Şunun için bu sot şunda. Hem to'g'liqning degandek eğer Xitoy yiqilgandan keyingi sotda bunu qanday foydasi olamdi, ziyni olamdi deganda mening qarashim Xitoy yiqilgandan keyingi dünya yeni bir dunyochi u. O dünyada ama bugungi sistemlar ishlamasligi mumkin. Şunun için o vaqt qanday bo'ladi bilmaymiz. Ama hozirgi sistemida indigenous people bo'lsak, abayamqi akimizdan degandek, Kanadadagi akimizdan indigenous people'ni o'ltiramsiz, so'yamsiz, kesamsiz. Bu dünyada so'riq yo'q hozircha. Beşimizin tutun çıkıdığan bir gap oldu hazır. Mesela hazır vatanimizdeki halkımızdan 20 yo'qolib bo'ldi deyildi. Eğer bu indigenuslar tizimli ketib bu holatda o'ltirilgan bo'lsa, unda bunun so'riq yo'q bo'ldi degan gap bo'ldimi? So'riqini qilolmaysiz. Mesela Avustraliyaning hozir deydi biz lagerini bizmi açsak, buluni bizmi qilgan tursak, sizning indigenous people'ni kesgan bo'lsa, bizning indigenous people'ga bet bo'lib bermadik ki. Biz buduchi qarab bizga deb bo'ldi juma Avustraliyaning odamlari. Lagerini bizmi açsak, biz nima deymiz Xitoyning oldiga berib bizning yuzimizga shuni ursimiz qana qilamiz deydi. Shuning uchun bu indigenous people meselesi samimiy, yaxshi, oqko'ngil desak, bu Rabia Qodir, Ömer Qanat, Olim Seyitov, Dolqin Aysani samimiy desak, bular dört desek. Eğer bularni samimiy emas desak, bular xoin. Bunun başka düşenimiz başka ismi yok bu işin. Telefonda biraz jiq aziz qarindoshlar, men o'chirib bo'lganlik uchun biraz sabr qiling, men qaytaray. Nima degan gapchi? Şuna qarindoshlar, telefon kelgancha meni deydanim. Av iddialarga javob berdik. Asosan taqdim to'lisi yolg'on gaplar. Shuni imzoga davom qilamiz. Kim bo'lasiz? Ismingiz deyitib. Alaykum assalom. Ben Abdurshid, ben Norvegiyadan uryapman. Benim so'raydigan bir savolim bor dedi Musaboy efendim. So'rang. Qancha qisqa bo'lsin yaxshi. Rahmat. Birinchi savolim Dilyar Musaboy efendim, sizlar diyorsiz chiqdinglar, sizlar uzun yil shu nimaning da'voning orqasida borgansizlar. Ama bir nimaga oldiryapsizlar. Nimaga oldiryapsizlar? Birinchi savolim. İkinci savolim, yaqin tarixda shu dunyoda bir 3. Dünya urush portlandi. Üçüncü savolim, bunun endi to'g'ri xatoligini nim qilsangiz bo'ldi. Üçüncü savolim, agar Xitoy 5 ga bo'linib ketsa, sharq, janub, g'arb, shimol qilib, bunun bir parçası biz bo'lamiz, ama bir merkez Xitoy bo'ldi. Shu vaqtida bu indigenous degan shu ismni bu Xitoylar uzundan buyon eğer biz parçalanıp ketib qolsak, bularni indigenous qilib turib, kontrol qilamiz yana qaytadan deb, shuni uzun vaqt planlagan bir planimi bu. Savolim tugadi, rahmat. Sizga rahmat. Birinci sualı sizlar bir narsaga oldiryapsizlar dedi, haqiqatan oldiryapmiz. Oldimizdagi 4-5 yilning ichida Sharq Turkistonning mustaqilchilari tayyor bo'lishi lozim. Shu yana bir alternativ dunyo Uyg'ur qurultiyiga alternativni tushunishlarmi, yana bir tanlash dunyoga. Biz mustaqillik olamiz, pul o'ramsan deb bersam mayda chatamiz yo'q. Avtonomiya demaymiz deydigan bir kuch chiqib, davoni tamponlashtirish kerak. Masalan, Tibetning armiyalari bo'lib bo'ldi qarindoshlar. Tibetning askarlari hozir ko'rsanglar, havas qilamiz, hammamiz alanni ko'rsak. Biz shu yerga berishimiz kerak. Uni bu dunyo Uyg'ur qurultiyi qilolmaydi. Vel aparmaydi ishni. Bakan sıraylıqı
binanın tişi pal işçi kalganlığını körüvatsızlar, davamlı körüsüzler. Bu bizleki tamam meselemizni tapşıraylı kurultay hemen yapıldı diyen olsa biz kurultayga yılda $1,000 nevet verip özümüzün işini kalan bulduk. Ama kılanmaydı bular. Bu yerge apıranmaydı. Ertügün biz pensiyaya çıkıp aldık of. Millet yaptı soruydu işte yanmaydı bular. Şunun için yeni bir taraf bölünüp çıkış gerek. Xuddi Tibetlerdinkidek. Tibet Yaşlar Kurultayıdek ve Tibet'nin armiyisidek algı kilişimiz gerek. Biz kırgınçılık uçuratımız. Bu ertügün bunda bir ikinci sualım cevap veriştik. Şunun için biz aldıratımız kardeşim 4-5 yılda. İkinci sualımız dünya vuruş çıkmamda dünya vuruş çıkmazsa mümkün. Çünkü hazır atom yadro bombası var dünya vuruş çıksa dünya tügeydi o. Ama Xitayning bunda bir avvalı var. Hazır Xitayning iqtisadi titrayotida hammalar bilisizlar. Asli ma'lum masalalar bo'lmagan bo'lsa Xitayning iqtisodini so'zlashish kerak. Iqtisodshunoslarni chiqib. Bu Xitayning iqtisodi titirgan vaqtida Xitayning Guangzhou degan Evergrande bu yıkılıp kalsa Xitay'dan neçe 100 milyon adamga ta'sir oldu ki. Şunun için Xitay qanday qilyapti? Chegirani taqayapti. Bu yil Amerikaning Lehman Brothers vaqtida bank yıkılgandek ish bo'lib qolsa, neçe 100 milyon adamga ta'sir olsa isyon chiqadi Xitaydan. Şunga hozir Xitay bütün hamma narsani qiliqsizlar inqilobi davriga qaytaryapti. Xitay ishkunlikni taqapla o'zining ishchiga bekinib olishi mumkin. Aldığımızdaki şu davalgoçtun ötküçe. Hem de bu yerde işçiliki bisim, eğer oradaki çetellerini görüp könü vakan, çetellerini görüp bilgen generallar deyimiz, halklar deyimiz, burunki kompartiyanın devridikideki minister hakaması cümleler içilip kaldı nasıl? Şunu bu adamla çıkıp kalsa, isyan çıkıp kalsa, bunu generallar kançılık bastıralışına bağlı. Eğer generallar bastıranmay kalsa, Xitayga bir yol kaldı. Yani bastıranmagdek bu kalsa bir yol kaldı. Onu nima desanglar, Tayvan hücum qilish. Tayvan hücum qilsa, bu ishchida shakllangan kompartiyaga bo'lgan iqtisodning cho'kishiga bo'lgan nafratni tashqi dushmanga burib o'tadi. Tashqi dushmanga burib o'tgandan keyin, bu Xitoyning xalqi voy Gongsandan va so'ydab yana keyni o'tadi. Chunki vatan tuprog'ini ilyapmiz deb bir tashviqot qilsalar oyoqqa olmishdi. Şunu bu vakitte o Tayvan bilen bo'lgan iş çıkıp kalsa bizge Tibetliklerdek tayyor turish gerek. Tayyor turmasak o Xitoylar qirib o'tadi Uyg'urlarni. Hozirgidan vahshiy qirib o'tadi. Buni ko'ranmagidek tasnasi bo'lmish shu. Shuning uchun tayyor turish kerak. Bu Yevropa ittifoqi va yanbizga manqimizni iqtiqonning foydasi yo'q. O'zimizni o'zimiz qo'g'daymiz yeri kelganda. Şunun için tayyor olup ayrım çıkış gerek hazırdan başlap. Tayyor olup çıkanlar hiç bulmasa Tibet'ninkidek 15 bin 30 bin kişilik bir nesli buluş gerek. Anda ahval bo'lgan vaqtida Suriyani ko'rdinglar quruq gap qaqmaydi u yerda. Kimning qo'lida nim bo'lsa shu hayotda qoladi, qag'amidan o'ladi. Shuning uchun bunga tayyorlik qilish kerak, hozirlik qilish kerak hozirdan boshlab bu bir qo'qab ketadigan inedining boshlig'ining qapiga o'tirilib ketadigan ishlar emas bu. Bu yerde bir birlik kırgınçılık buluyordu. Senaryo o kadar naçar. Hazır Avustralya'dayız, Japonya'dayız. Tayvan uğraşıp kanday qilamiz deb senaryo sızavası biz demiş sızmaymiz o senaryoni. Sızaş gerek, tayyorlik qilish kerak. Bo'lmasa xalqimiz qirilib ketadi, hech kim biz uchun teksaslik berib qutqazmaydi Uyg'urlarni yo bir bilmem New York'dan birisi bormaydi, yana biz bormaymiz. Yana shu millat bor edi. Shuning uchun Aşı künge tayyorlik qilish kerak. Dünya Uyghur qurultayı biz nima ish oldiryapmiz? Bu xiyoliga kirib chiqmaydi bularning hozir deyotgan senaryolar. Pulni olsak, namoyish qilsak, chidir qilsak, tugdi. Shunga 3-savol unutib qoldim. Dünya urush chiqmaydi qerinishim, ammo Xitoy bilan bir rayon xarakterlik dengizda bir kichik bir urush chiqishi mumkin Xitoyni dengizdan chetga o'tish uchun. Xitoy Tayvanni ilishga zaten mecbur. Ya bugün aldı ya 5 yıldan keyin ya 10 yıl ya 20 yıl. Aman bir kuni Tayvanni almasa Xitoyni ilqi. Birinchi qitim men programni ko'rsatdim bir ballar bir yo'lni nima ish qilyapti deb. Tayvan almasa Xitoy yo'q deyolmaydi. Üçüncüsü beşki parçalanıp kesse dedi ras isim geldi. Beşki parçalanıp ahir sual değil bitti. Beşki parçalanıp kesse Şarkı Türkistan
Xitoy başulab, merkezde Xitoy turib, qolganda federatsiya şekilde. Ha, güzel. Bunda suallar buluş gerek. Bir qancha senaryolar var. Mesela birisini bakayla. Mesela Yani indigenous tizimdeki buruldan plan bilan kirgizib qo'yar, keyin tekrar besilishning asosini yaratganmi degan savolda. To'g'ri. Endi keldi. Indigenous people'ni kirgizish agar Xitoyning qo'li bo'lsa, kerakchi, agar bu shu ishda Xitoyning qo'li bo'lsa, kirgizishda. Hidayatullohga indigenous people'ni oshkorlashda Xitoyning qo'li yo'q. Indigenous people'ni qilib qo'yishda qo'li var bu shu yerga qarab Hidayatullohga. Tamam. Ben anladım nimelerini davet kılınmadı. Endi Xitoyning agar bu yerda qo'li bo'lsa, qilishda bu birli ma'nosi bor. Qirishqa tayyorlik. Qirishqa. O'tirish kuchi. Chunki jazo yo'q. Agar Xitoyning qo'li bo'lsa, bizninkilar ya hain ya döt deymanmi, ya dötlik o'li tushdi u yerga, ya hainlik o'li tushdi bilmayman. Ama qirish uchun qiludi buni. Ve o Uyg'ur so'tidan agarda insoniyatga qarshi jinoyat chiqib qolsa, u Xitoy indigenous people qilib, kendini so'yib, bizning odamlarni o'ldirib, insoniyatga qarshi jinoyat chiqsa, qo'lini pak yuvitib qutulgan bo'ladi. Xitoyni dadim qutulgan bo'lamiz. Uyg'ur so'tidan. Yani o'tganimiz inson emas deb tugaydi. İnsaniyetga qarshi jinoyat chiqib qolsa, buniki Xitoydan sotib olmaydi. Uyg'ur sotidan insoniyatga qarshi jinoyat chiqsa, ammo genocide chiqsa, qirg'inchilik chiqsa, buni siyosatchilar ishlatmabdi, shunga bog'liq. Biraz jiq. Xo'sh. Telefon biraz jiq. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. İler efendim. Yaxshi. Sizin yaxshi dediniz. Sualınız yoki so'zingiz olsa qisqaroq deseniz, marhamat. Ya bunu da ben qisqaroq deyman. Naytda yaxshi suhbat bo'ldi, tabriklayman arishkanlarni. Endi bu yerda indigenous people bo'lishninki Xitoydan qo'li bormi, yo'qmi degan masalaga kelgan chog'da aniq faktimizni birdan delanmaymiz, ammo sizlarga qisqa bir hikoya aytib beray bu to'g'riliq. Xo'sh. Ben Amerikaga kelgan vaqtida sosyal media taraf qilgan email listimiz vardı, Amerikadagi Uyg'urlarning tarim list deydigan. Shuningda bir cho'ng tang deydigan bir Xitoy vardı. İngilizcesini aytib yaxshi. Shunda bir nimani yozgan. Kelgisida Xitoy sizlarni Amerikalik aqtalliklar Amerikadagi yerliklarni qirgandek qirib, az bir sondagi 1 milyon nüfuslarni ip qilib, bir yerga solab, uningdan sizlarni boqadi degan bu. Şundan bilan bu yerda Uyg'urlarda nurg'un noroziliklar bo'lib, bunga qarshi bir nima yozdi. U Amerikadagi u qirg'inchilik tarixda bo'lgan, burungi vaqtda bo'lgan, hozir bu 21-asr Xitoy unda qilolmaydi degan javoblarni bergan bir. İkincisi, efendim nechinchilikda Xitoylarning bir munozara maydoniga Google'dan bir kirib qoldim. Buningda nima aytib vahshiy gaplar bor. Uyg'urlarni dehqonlardan tatib qirib deb Xitoydan dehqon chiqib ketgan. U bu degan men shuni kopyalab Mehmet To'xtiga avatib bergan o'z vaqtida. Üçüncü, Jiang Chunshan Abdunum rayonunun partiya sekreteri bo'lgan Amerikaga kelgan chog'da Amerikadagi yerlik Amerikaliklarninki, Indiyalarning reservationlarini ziyorat qildi. Undan keyin qaytdi. Endi bu shu narsalarni birlashtirib qaragan vaqtimizda hozirgi bizga kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa nurg'un sabablarni so'zlab ketganlar bor. Biz yerlik bo'lganlik, zaminning egisi bo'lganligimiz uchun, musulmon bo'lganligimiz uchun, Uyg'ur bo'lganligimiz uchun turmachi va hokazolar bor. Ammo buningda bir naq to'g'ri bir javobni hozirgacha topolmadik. Ammo men bilgan shunday bir hikoya bor. Buningda kesin hukm chiqarish bo'lmaydi, hammalarning bir samiga shunday bir sep qo'yay dedim. Rahmat, mening gapim tugadi. Sizga ko'p rahmat. Omon bo'ling. Rahmat. Allah razı olsun. Muhim usul lekin. Cesaret efendim to'g'ri qopdi. Assalomu alaykum. Ovozingizni kamera anglatamiz. Savolingiz va so'zingiz o'z desangiz, marhamat. Assalomu alaykum.
Aleyküm assalam. Gap qo'yaramiz. Men qisqa o Dilyor apandiga bir tavsiyam bor deb aytgandan keyin bir inkosni qisqa anglag'im bor. Endi bu qurultayniki tabiatini biz uzun yillardan so'zlab qolyapmiz. Bu qurultayniki asli muddasining nimaligi, bu tashkilotning xarakterini baldırıp bilganlar bor. Mushu yaqinda bo'libmi baldır bilganda izchil tanqidiy fikrda bo'lib keldik. Ham bularning dushmani otilib keldik. Bu qatam Dilyor apandi Qozondan qo'ng'in tejibyapti. Mushu sabab bilan hamda nurg'un qarindoshlarimiz bu tashkilot amaliyot bu bir shirkat bu o'zlarining gapi bo'yicha pay qo'shsang, ya'ni $5 pay qo'shsang sening so'z haqqing bo'ladi. Bo'lmisi yo'q. Yani sen sudçu mumini so'roq tutqidek degan darajada muttaham nihayat mushtum zo'rliq bilan muomala qiladigan xalqqa ham shuning bilan bir vaqtda men butun Uyg'ur, hatto diasporadagi Uyg'ur emas, o vatandagi 30 necha million Uyg'urni tortib bizning birdan bir vakili deydigan bu Xitoy kommunistlari desmi yuzi o'yiladigan darajadagi gapni xalqimizga deb qilayotgan bir shirkat bu hisobda. Bu Dilyor apandi Qozondan qo'ng'in teshayotgandan keyin bir yaxshi ish bo'lgani hamda xalqimiz bularningki asli yuzini ko'rib oldi. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Menimcha buningdan keyin mayli qanday bo'lsin, mayli programma bo'lsin, mayli yozmalar bo'lsin, yana bu tashkilotningki, bu shirkatningki mohiyatini yetishga tirishishning hech ahamiyati qolmadi deb o'ylayman. Ya'ni buningga vaqt isrof qilishimiz menimcha ortiqcha. Chunki İkrarlarımız olsun, ya yazmalarda olsun, bizniki ziyadilerimiz, bizden akıllı adamlarımız köp katım ta'kidledi. Bizden vaktimiz pek az kaldı. Yani vatanda halkımız kunde kırılıp atıdı. Bizden yani talaş tartış kılıp bu şirketin mahiyetini açılgan vaktimiz kalmadı. Şuna bu katım hazır enik ayrıldı gap, yani oğun sol kanattan gepi çıktı. Bu nayeti doğru gap. Şuna sol kanat bağırken hazır oğun kanatını tezlikte nihayet ciddi bir vaqt içinde, ciddilik içinde meydana keltirish hammadan muhim vazifa bo'lyapti hozir bizga. Shu anda yana bir mohiyatini yechish, tushundirish menimcha hech ahamiyat qolmadi. Uningga vaqt ajratishmi hech ahamiyatsiz bir ish. Mening tavsiyam xalqimiz orasida hozir tashkilot degan gap chiqsalar bir tepki keladigan hali şekillendi. Çoğu teşkilatı öğü kaldı halkımız. Yakında kuruluyordu yani teşkilat. Hem de ötkende Dilyor apandi dedi. Mavu dünyaya biz kurultay bizge vakillik kılmaydı dediğin avazni yetkizgenden keyin bizge logo orunlarını evetinler teşkilatlar. Biz 10 kanatını şekillendirishga tirishimiz dedi. Bundan başka mı Mavu Uyg'uriston Ozodlik tashkilotiniki xalq harakati nomida xalq ichidagi aktivistlarni asos qilgan, uning qo'shimcha tashkilotlarning odamlarini chaqirgan shaklda bir ish qilyapti ular. Ya'ni shaxsiylik aloqa avatish orqali taklif qilyapti bu ishga. Endi Dilyor apandi deydi, bizga tashkilotning logolarini avatsanglar biz tashkilotlarni birlashtirib bu 10 kanatını şekillendirishga tirishimiz deydi. Endi hozirgacha men 20 yil o'tdi shu da'voning ishiga ko'ngil bo'lib qolyaptqali. Rost gapni qilish kerak. 10 qanotda qurultaydek ta'sir kuchi bor bir tashkilotni ko'rmadik. Mayli hukumat bo'lsin, mayli partiyalar bo'lsin va yoki Dilyor apandi yetakchilik qilayotgan yoshlar qurultiyi bo'lsin, hech qaysiniki xalqimizning diqqatini ciddi o'ziga torta olgan bir ahvolni ko'rmadik. Shunga endi bularga Dilyor apandi bir tashkilotlarni birga akelgan taqdirdimi? Yana biz ciddi umid qilayotgan shunday kuchli bir 10 qanotni tez bir qisqa muddat ichida shakllantirilishi men shaxsan gumon bilan qarayman. Shunga bu ishga mencha Dilyor apandi davlatgan tashkilotlarni birga akelish bilan Uyg'uriston Ozodlik tashkiloti qilayotgan xalq orasidagi aktivistlarni birga akelish. Mushu ikki ish birlashtirilsa, andan keyin to'g'ri bo'larmikin deyman. Chunki
qurultaydagilar ina xil deydi qo'y. Kuching olsa, men mushtum zor deydi. Kuching olsa, menga o'xshash kuchli tashkilotdan birini oldimga chiqar deydi. Chiqarib, og'zi burnimni qanat ana shu chog'da men sening gapingni anglayman deydi. Unda bo'lgandan keyin mushu kuchli bir o'ng qanotni tashkillashda menimcha Dilar apaniga tavsiyam mushu Uyg'uriston ozodlik tashkiloti boshlagan xalq harakati nomidagi xalqchilik aktivistlarniki rolni joriy qildirish bilan Dilar apani degan tashkilotlar logosini avtib tashkilotlarning kuchini birga keltirish mushu ikki ish birlashtirilsa mushu biz umid qilayotgan mushu o'ng qanotniki tezroq dunyoga kelishiga foydasi bo'larmikin degan umiddaman. Bu vaqtda Dilar apanining bo'z qisqacha o'ylaganlarini anglag'im bor. Rahmat. Sizga rahmat. Oldi bilan albatta mana bu narsalar bo'lgandan keyin, ya'ni bizning bir imzo to'plab olgandan keyin dunyoga bir xalqaro sahnada bizning oldimizga bir bo'shliq ochildi. O'ng qanotga ya'ni. Dünya deydi-ki, sen birden bir emaskensen, seni 10 ming adam, 20 ming adam e'tirof qilmaydi. Demek sen birden bir emas, faqat birisikensen. Bundan sonra yeni birisi kim o deydi. Biz şunun için ötken 6. ayının 4. güneyliği Tayvan jığınıdan keyin şu yerde biz Dünya Hukuk Kurultayı münasebetimizi kestik, hem de 10 kanatını birleştirimiz dedik ve ötken 5 aydan beri 10 kanatdaki taraflarga görüşüp bir narsa şekillendirish uchun tirishib keldik. O'tgan 5-6 oyda yani. Ama bizning nima ish qilayotganligimizni va bu ishning mushu yerga keldiganligini tushuntiramidik. Tushunmadik qarindoshlar bizning nima ketyapligimizni o'ng tarafdagilar. Shuning uchun sal qaraldi bizning necha oylik nimamizga, tirishchanligimizga va nima uchun bir yerga yig'iyotganimizga. Hem de hazır emmeyle deydi, o ay bunda kazandığım teyit işlep gitti, hem bir yer gelişimiz gerek. Diğer neyse hazır, on tarafının hemmisi de var da ciddi. Bazılar halk hareketi deydi, bazılar yeni bir neyse deydi, bazılar sürgünlük hükümetini güçlendirimiz deydi, bazılar yeni bir neyse deydi. Ma iş hazır bir yere gelgendikken hazır on tarafta plancı kıyıp getiriyor. Bizden deydiğimiz, biz abi 6-7. aydan tartiblan bu şaklı minivat attık. 10 taraftaki qarindoshlar hazır kıldığı iş şu. İmzanı toplaşma merkezleşimiz hemimiz. Dikkat kıldığından bu tuncu qitim Şarkı Türkistan Sürgünlük Hükümeti, Şarkı Türkistan Cumhuriyetçiler Partisi ve Şarkı Türkistan Uyg'uriston Ozodlik Teşkilatı, Şarkı Türkistan Yoshlar Qurultayı hemimiz tuncu qitim bir noktada birleşiyotimiz. Onun kıymetini bilelim. Bir noktada. Hem de biz bu yerde bu on taraf qanday shakllanadi degan narsani ikkinchi qadamga olib qo'yib, va birlashgan ishimizni tugataylik oldilar. Bizning ko'nglimizda samba. O'sha tarafning hammasini qanday qilib hech qaysini ranjitmasdan bir yerga tutish degan narsada bizning ko'nglimizda samba. Uni biz faqat ma'nosini bilaolamiz. Bir birlik qurilganda, masalan deylik, Yevropa ittifoqi qurilganda hargiz Germaniya va Fransiya chiqib biz Yevropa devletlerini bir narsa birligiga chaqiramiz, kelinglar demaydi. Onun için o bilgiye sen demiş kelmaysa deb ranjimaydi. İşning tartibini bilaylik. Oldindan Yevropa ittifoqini qurmoqchi bo'lsa, Germaniya va Fransiya anjiq akilalaydigan balkim 10 ya 15 devletni diplomatik so'zlashuvda oldida berib. Bunda bir narsa quramiz, sen qanday qaraysan, qanday qaraysan. Ve 15'ini yığılagandan keyin Yevropa ittifoqini e'lon qildi, ya bir ittifoqini e'lon qildi. Ondan keyin kelmaganlar teshida qoldi. Mesela Türk Birliği quruldi hozir. Türk Birliğini Azerbaycan bilan Türkiye, Türk Birliği qurimiz nima ish qilsizlar, kelmaysizlar demaydi. Avval diplomatik ko'rishishlar bo'ldi Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston hammasi bilan. Ondan keyin anjiq akilarligini bilan kelishgandan keyin uning ismini, girbini, yamishini paytaxtini hammasini tayyor qilgandan keyin undan keyin e'lon qildi. Qarasanglar Turkmaniston yolg'iz qolgan 7-8 birlashib bo'lgan. Shunga mening demoqchi bo'lganim nima desanglar, hech qaysi taraf biz bir narsa qurimiz, bu shu da'voning eng cho'ng xatoligining birisi shu o'ng tarafdagilar davomli shu. Fransiyada milliy majlis ochdik, sen nima ish qilmaysan. Yana birisi deydi, men ma'no ochdim, sen nima ish qilmaysan. Unda bo'lmaydi ishlar. Avval içishdan burun aloqalisiz. Turishdan burun aloqalisiz.
yip kışkının keynide diplomatik körüşsüz aldıdan bunda bir birlik olsa bunu bunda sözleşsek anda kısak dep en avval qanchalik jiq teşkilatının bir yer ekilersiniz sunun bir şey çıkmay durup ekep bo'lgandan keyin chiqsa sunun teshiga mesela ben Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi qurma kelinglar voy nimishqa sen kelmaysan nimishqa u kelmaydi demedim ki ve oldi bilan tuvanga cho'kdim berib teşkilatların beshiklarni sözleştim bundan bir narsa quramiz qanchinglar beshida 40 necha bola vatdi 10 necha 20 necha davlatdan oxirisida so'zlab qo'shilmadi ba'zilar chiqatdi ba'zilar qo'shildi 60 yurib en vaqtida 5 davlatdan 5 teşkilat kelishgandan keyin qurildik ve sunun yuziga chiqdik ishlar bunda bo'ladi sunun ostida ishning 90%ni puttursiz ondan keyin chiqsiz sunun ustiga biz meyaga yig'incha birlik quradi degan to'q palonchi kelmidi u kelmaydi çünkü xabarimiz yo'q bizdan nima ish qiladi u ishning asosi nima u ishni bilmasak shunlar ishning tartibini almashtirib baqaylik bu qitim avval teşkilatlar sözleşeyli qanday birlashaylik qaysi nuqtalarda kelishaylik o'ttirimizga bir to'xtam paydo qilaylik ma nuqtalarda kelishaylik bu nuqtaning ma mas'uliyati menda ma teşkilatda ma menda degan shuning uchun meni demoqchi o'g'lim hozir ma imzo to'plash markaziy shayni imzo to'plagandan keyin diplomatik bir-birimiz bilan ko'rishishlar bo'ladi hozirgacha her qaysi teşkilatlar o'zinglar bilasizlar bizning teşkilat protokolida mendan tuvan men protokolda boshqa atib birinchi o'rinda bo'lsa mendan tuvan qolgan protokolning eng yuqori adamlarini hammanglarga avatdiqku hammanglar bilasizlar hammanglar bilan ko'rishyotidi so'zlashyotidi gap shu o'zaro tushunish hosil qilish perdining tagida suvning tagida asosiy nima ramkasini chiqarishimiz kerak oldida qaysi nuqtalar sizlar qo'shilmaysizlar qizil siziqinglar nima bizning qizil siziqimiz nima mas siyoset degancha san'at deymiz ku siyosetning to'liq qismi bu kelishish san'ati siz kelishishni bilsangiz qizil siziqingizni chiynamay turib qarshi tarafga minchilik yo'l qo'ymay u menga minchilik yo'l qo'ydi deb kelishaylisangiz siyosetni bilasiz kelishamiz desangiz siz siyoset qilmang demay deyib kirib uxlang siyoset degan kelishish san'ati tamam shuning uchun qarindoshlar biz oldi bilan yaning tegida bundan so'zlashimiz hamma moddalarni nuqtalarni hamma so'zlashimiz eng oxirida bir o'tirda bir chambar qoladi uni ichiga kiradiganlar hammamiz kiramiz yo ben bundan men yo'qdim deganlar amal yo'q uning teshida qoladi shunga hozir imzo to'plashni o'ylashaylik imzo to'plashga kuchaylik qolgan gaplarni bu shu jarayonda bizning diplomatlarimiz hammalarni ko'rishganda yana davomli ko'rishimiz balki sizlarning loyihalaringlarni anglaymiz bizninkini anglaysizlar ammo tez suratda chiqishimiz kerak o'ng taraf chiqmasa bu qitim mag'lub bo'lsa qarindoshlar bu o'ng da'voning o'ng tarafi astamiz kirib uyimizda baqaydi bu ishni qilmaydi qilolmaydi ekanmiz deymiz shu yana bir qancha telefon bor aziz qarindoshlar va telefon jiq bo'lganligi uchun o'chirib qoldi oldi keyin bu oraliqda o'zingning qiyrinig'i pichoq olmanglar aziz qarindoshlar assalomu alaykum baqajim xush keldilar gaplarni anglashlar bo'ldi va alaykum assalom hammalarniki shu vaqtinglar xayrli bo'lsin bayamniya programmada o'tirib Dilyar efendimning qirg'an bir ig'iz so'zi diqqatimni chekib qoldi shu vaqtda Dilyar efendimdan bir savol so'rab baqsam yomon yerdan bir tutib oldik bunaqa bir javob berishni umid qilaman bayam Dilyar Musabayev efendim Dünya Kurultayı'nınki öz takdirini öz belgeleş yolda mangışı bu to'g'ri dedi shundaqmi emasmi 2017'de ilgari dedi 2017'de ilgari dedimi yoki hozir meng'avatdan o'z taqdirini o'zi belgilash bo'lgan bo'lsa to'g'ri dedimi o'zining salohiyati ben javob bermem sonları so'zlab 2007'nin aldı o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lda mangışı bu to'g'ri dedi 2007'nin aldı ben bu so'alni so'rashdim burun oldiga bir qadam chekilib bir ishni tekrarlash orqali bu o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lini tamaman xato ekanligi haqida bir savol so'rab baqaman xo'sh
2011 yılları boz kerak. Dünya Uygur Kurultayı'nın sabık reisi Rabia Kadir Hanım, Dolkun Eysa, Ferhat Yorunkaş, Katarlık reisleri Gollandiya'nın Amsterdam Slaughter'da şehri kâgen vaxtıda. Yani Rabia Kadir Hanım'ınki, İtalyan'ınki ma'lum bir Abdunum ülkesi Cumhuriyeti, İtalyan'ınki terkibide bo'lgan Abdunum Cumhuriyeti'lik sayahatdan keyin Gollandiyaga kelgan. Şu vaqtda Gollandiya xalqining oldiga, Uyg'urlarning oldiga bir savolni tashlagan. Biz zaten nima talab qilamiz? Mustaqillik talab qilamiz tek bizni kirgizmaydi ekan. Bizni qo'llamaydi ekan. Bayam Dilyar efendim shunday dedi, mustaqillik desak bizni qo'llamaydi ekan. Kiremaydi ekanmiz, o'chib shu gapni bizga shu hikoyani biz anglagan naqmaydan turib. Avtonomiya alaylı desek, atalmış Şinjan Uygur Abdunum Rahim degen avtonomiya bakir. Şuna Aliyu avtonomiya talep kılaylı dep bu boğan. Bizgi şu vaqtda İtalyanın bu Abdunum Cumhuriyetininki tashqi jihatda İtalyaga qaraydiganligini, ichki siyosatlarini o'zi belgilaydiganlik haqida tushuntirishlarni berib o'tgan. Shu ziyoratdan keyin. Xo'sh. Unda qo'z bayam Dilyar efendim öz takdirini öz belgeleyiş to'g'ri dedi. To'g'ri degan bo'lsa bu siyoset 2011 yılı bu Rabia Kadir Hanım'ın Gollandiya ziyoratida o'ttirilib qo'yilgan vaqtda kamplar, qirg'inchilik kamplari tek qurilmagan. Unda o vaqt hozir Xitoy nurg'ulgan Xitoy ko'chmanlarini, Xitoy zavodlarini, ishkirlarni yo'tkab akilib, Uyg'ur erlarini ishkirlik yo'tkab Xitoylashtirish siyosatini elib beryapti. Nopos tanqonligi zo'r darajada hozir 70% avvalda Xitoy nüfusu egallab ketdi, Uyg'ur qanma desak bo'ldi. Unda vaqtida kelgusida vatanimiz bir demokratik davlatlarning aralashishi yoki bir qurolli harakatda bo'lish sababi bilan ichki parchalanish yuz berib qolib qolsa, Xitoylar o'ziga manfaat ko'rgan, o'z taqdirini o'zi belgilaydiganlar bilan qilib qilib siyosiy ovoz qo'yilib qolgan vaqtda bizning nüfusimiz az sonliqni, Xitoylarning nüfusi ko'p sonliqni egallab qolgan vaqtda öz takdirimizni özü belgileştiğine ibaret bu siyasi taktiki işlemdi Şarkı Türkistan'da. Yani Uygur nüfusu 4 teven dereceye düşürüp kırgınçılık uçurgan vaxtda şu taktiki doğru mu? Buna bir cevap vergen bolsa. Bagacım rahmet emsi. Rahmet. Birincisi ben 2007 yılının aldıdaki öz taqdirini öz belgileş yoldu. Meni şu to'g'ri indigenous people'ni qo'shib olsa xato dedim. Indigenous people qo'shilsa avtonomiya ketadi öz taqdirini öz belgilesh. Hozir qarindoshimizning degan savol so'rishining mohiyatida bunday bir masala bor-ku. Bu qarindoshimizning hozir savol shaklida Dünya Uyghur Qurultayı birdan-bir tashkilot degan narsani qabul qilib turib so'rayotdi-ku. Dünya Uyghur Qurultayı avtonomiya demay, avtonomiya deyishi xayrlik o. İngilizlarning oldiga chiqib avtonomiya deyishi xayrlik o. Xayrlik demay, öz taqdirini o'zi belgilash deb ma'nsun. Ama hozir savol so'ragan qarindoshim Dünya Uyghur Qurultayini birdan-bir tashkilot deb tonimaymiz-ki biz. U öz taqdirini o'zi belgilash deb ma'nsun. Biz Sharq Turkiston mustaqillik deganlar ayrim chiqimiz yandan. Chiqsaqmi chiqimiz, chiqmasaqmi chiqimiz. Yani Dünya Uyghur Qurultayining avtonomiya olamiz deganida öz taqdirini o'zi belgilaydi, xalqimiz deydi, bizning yaqilish salohiyatimiz yo'q deb mang'ida yaxshidir. Yani bu davanın o'ng soli bo'lishi kerak. Soli avtonomiya deb ma'nsunmi yo öz taqdirini o'zi belgilash, yani öz taqdirini o'zi belgilash degan shu. Men javob berolmayman, xalqim javob berdi degan gap. Ular avtonomiya deb ma'nsunmi bizning sol qanot yoki bo'lmasa men javob berolmayman, xalqim javob berdi deb ma'nsunmi? Bizga qaysi foydaliq men o'ng tarafga bizga? Bizga xalq tashlab qo'y davlatni birovlarcha. Ben sen mustaqillik diyemeyse sen xalq tashlab qo'y, mustaqillikni biz deymiz. Yani 11 bitimning ikkinchi seriyasi bo'ladi-da o'chadi. Bak qo'yib bo'pti 11 bitim imzoli zaten. Şuna mesele şu, yani Dünya Uyghur Qurultayı birdan-bir tashkilot emas, bir qushning sol qanoti deb tushunib. Bu qushning o'ng qanoti kerak, maydonga chiqish kerak. O Sharq Turkistonning mustaqilligini o'ng qanoti qiladi. Bu sol qanoti yumshoq qanot, bu faqat xalqarada zaten Dolqaysa o'zi dedi-ku. Biz mustaqil qilolmaymiz, mustaqil qila oladiganlar butunni yuzib qo'ymaydi dedi-ku. Ve biz hozir o'ng qanotini
Bizim ikramı bizleşilen çıkarmakçı. Dudukon Eşapen'den bütün yüzdüralarını izlep program kılmakçı zaten. Ya zaten şu aval bir onkanatlı bir şekillendireyle ve kilişi bir kileyle ki handa müstakil olmuş planımızda kalıkı bir köstüp uğlaş bütümüzde şu kazgın barımız Germaniye'ye tamam. Bu için hazır kadem kilimiz berindaşlar. Bir qancha qarindoshlarimiz mana ücret saklab Benim arzuyu o taraftaki qarindoshlar teşkili oylamanlar, benim teşkilatım oylamanlar. Ve vatan oylanma, Şarkı Türkistan'da oylanma. Çoğun mesele oylanlar, kiçik meselelerini kömeği ötüp gidelim. Hoş. Mana udum ammaydı. Ama Ahmetcan ben bu yıkılıp kalaydım 3 saat oldu. Amal yok. Ekran çıkmak asan düşmek tersmiş daha. Yani 3 telefon bakiyet takım. Hoş. Assalamu alaikum. Avazınızla anladık. Kim bulursunuz? Demek olan sözünüzde isminiz değil. Buldum. Benim ismim Abdullah. Türkiye'de yaşadım hazır. 25 yaşım. İstanbul Üniversitesi Halk Başqurishida o'qiyman. Endi shuni deb qo'yay dedim ki, mening çevremde men taniydigan 5-10 bolalar bor. Hammasiga anlattım, hammasiga tushuntirdim buni. Dilan Musabay olsun, Ahmet Jargasıl olsun ama sizlar yalnız emasam-da shuni deb qo'yay dedim. Ashular vakatini o'zim shuni deb qo'yay dedim. Sadece yetib qoldim. Ondan keyin yanbisiga Türkiye'de bulayotgan ishlar bo'lsin. Dünya vaqasiyalari bulayotgan ishlar, Facebook'dagi ba'zan qarg'ularchi işte xalqning keyniga agishadigan odamlarniki, andan keyin sizlarga qarata yolg'on gaplarni taqtirgan hammasini ko'rib turyapmiz. Unutqanmiz shularni, bir kun ulardan bir nima deymiz, hisob so'raymiz, aniqlan buni. Shuni deb qo'yay dedim, yolg'iz emassizlar. Şu özümün bir ifade verdim özümle. Dostlarım vakalatim bir. Rahmet. Keyingi telefon alayım. Hoş. Gelişik telefon kaldı o. Ben zaten şunu ve nakli ulgurda kavşayım. Assalamu alaikum. Kim bulursunuz? İsminizi deyip alan sualınızı alın. Merhamet. Avazım kilovatamdı. Anlatımız gap kalan kim bulursunuz? Nima deysiz? Merhamet. Assalamu alaikum. Hürmetli görmerler. Hürmetli Ahmetcan efendim, Diliyar efendim. Ben Reşit Muhammed, İstanbul'dan bulumen. Kesbim til ve tarih tədqiqatı. Benim bir kıskalı sualım var. Merhamet. Şunu sormak için. Biz Diliyar efendimni qandaq tanısak oldu. Ben bir adi fukara, mesela ben adi fukara bulup süptüm bilen Diliyar efendimni qandaq tanısak oldu. Siyasi obrazını qandaq tanısak oldu. Bir ökçü dep tanımdık, ya ki davacı dep tanımdık ve ya ki inqilabçı dep tanımdık. Qandaq tanıyımız. Bundan da kısaca şerhilisem, ökçü dep tanısak Diliyar efendim hazırımda bazı işlerine narazı olup, dünya kurultayının işlerine veya başkalarına narazı olup ökçü kopavatdı. Bunda tanısak ökçü kopkallı olsa ökçü dep tanıyımız. Ya davacı dep tanısak hem de dava kılman degan olsa yani şu neticeli bir davamlı işkili atkan şu dava oldu bu hem de. Biz bilmeydiğen dava emas, hiç qanday yanlış yok. Şu ekrana çıkarıyor sözleydiğen veya başka bir faaliyetlerini elip bardigan dava oldu hem de. Ya bayağı bu qarindoshimiz deb o'tib ketdi. Bu davachilikdagi tashkilot uchi dernek diyelerge öğülap ketibdir az. Buni men qaytilaman shaxsan öğülap ketganlarning birisi. Ben şu bu dava boluş jarayonida qo'saq to'yilishlar chiqib ketib qolgan ahvol mavjud. Bu nurg'un kishilarga ayon. Agar da'vochi olmayman inqilobchi bo'laman desa siyosiy obrazni yaratgan inqilobchi deb to'laymiz. Ashunday bir inqilobni qila olamdi, bir yangilik yarata olamdi, bir bo'sish xarakterlik islohot ilib bora olamdi. Hech bo'lmasa bir cho'ng inqilobni qilolmasimi, shu da'vochilikdagi tashkilotchilikdagi qo'saq baxtiliqqa bir chora tadbir qo'llana olamdi. Inqilob qila olsa bu
eng zo'r ish bo'ldi. Da'vo qilgan bo'lsa, u da'vochi deb taniymiz. Shu natijada bir bo'lib kelayotgan da'vo, ammo inqilob qila oladigan bo'lsa, buni inqilobchi deb taniymiz. Shu men inqilob qila olmayman, zodi men inqilob boshlay olmayman, xalq orasida kelib boshlay olmayman deb shunga maydaqa qalamga shunga ishonch bormi? Savolim tugadi, rahmat. Pek rahmat. Yaxshi bir savol so'radingiz. Rahmat. Maşallah, rahmat benim için. Rahmat rahmet. Yaxshi savol bo'ldi. Ya'ni benim nim qildiğim yani yeni bir evlat çıkış gerek. Yeni bir evlat yaşla bu davanı özgertiş gerek. Hazır qeyrinçimiz degandek bu davadaki qo'saq beqishlar, bu dava mesela İNİDİ'nin pulunun hesabını bir setini koymay alıdı. Doğru biliriz. İNİDİ'nin pulunun hesabını alıdı. O'rta Osiyodan yanchuklar kirayotgan, boshqa yerdan kirayotgan pulning hesabini alamdi. Uning hesabini nima qilib bermaysizlar? Biz kimning qancha boshqa dollarni yanchuklar sog'indimi biz deb biramdiq bu xalqqa. Bu da'voda nurg'un o'ngshilish kerak va yana bor. Mening oylik maoshim 4000 euro ya 3000 euro bunda bejarlik adabiyoti ahmaydi. U davr tuydi. Tamam. Bunun başqa yerlarimi chiqib qolaydi. Şunun için bu dava bir ıslah buluş gerek. Bu davada burun bunda işleydi bu dava. Birisi çıkıdı. Erkin Asya Radyosu ziyaret kıldı. Özünün ihtiyarı muhbirleri Erkin Asya Radyosu çıkıdı. Ve hepimiz çok bilimiz kurultay anda oy vaydı. Emniyette o kalpak güçlük adam yok da işçide. Yok. Şunun için bunun keyin hazır media o'zgardi mesela sizning Ahmetcan sizning o'ynayotgan pidaylar ekranidagi mustaqil medianing roli bu ajoyib bir islohot qurolichi siz. Agar siz bo'lmasangiz bu narsa bo'lmaydi, sizning ekran bo'lmasa bugungi kelganga kelolmaymiz. Shuning uchun ko'payish kerak, yana mustaqil medialar ko'payish kerak. Bu shu narsalar mexanizmlar tayyor bo'lganda ostidan chiqqan yoshlarga jiq fursat bo'ladi. Avazımızı kesip ötenmeyin. Karan İstiklal Televizyesi'ne çıkıdan bir elanını berip olup kelgen telefonlarla kesip etti. Yani bir yerge kesip etti. Onundaki kızı biri İstiklal Televizyesi kesip etse Amerika'da özünün muhbir devcügendin birisi koşulap getipti de ya sen kandan muhbirsen. Bir muhbir bir adamın televizyaya ya ekrana çıkışını kesilip koşulam da bir muhbir. Komünist yani bu adamın ayımızın kaldığı suçu. Komünist. Ben bir muhbir olsam, birisi ekranı çıkarmaya kalsam, ben ekranı çıkarmaganın tarafını tutuma. Çünkü bir akbaratçılık, kesbi, ahlakı diyen bir nesi var. Yani bu muhbirlerimiz mi sahta? Erkin Asya Radyosu'nun muhbirleri mi? Komünist ameliyette. Şunun için bu davanın bir ıslahat vakti geldi. Eğer ıslah kalanmasa, o vakti de inkılap çıkıyordu. Bu inkılaplık çıkıdı, başlandı. Hazır qeyrinişimiz degandek nurg'ulg'a yoshlar var ama aldiki qeyrinişimiz deydi bu sizlar yolg'iz emas. Biz hazır hamma yerda var. Yaponiyadan tutung, Kanadadan Amerikaga tutung, Türkiye, Avrupa, Arap davlatları, O'rta Osiyo hamma yerda bor hazır bu inkılapning çünkü bir xalq harakati bo'ldi. Ve bu inkılap g'alaba qildi. Çünkü bunda bir gap bor. Bir ideyaning bir fikrning vaqti kelganda uni tankimi to'sayolmaydi. U birisining telefon qilib mediadan kesishimi to'sayolmaydi. Yana bir hech nima to'sayolmaydi, ishlamaydi u narsalar. Hech qaysi aqmaydi. Yolg'on gapinglarni aqmaydi. Taqtiyotgan pishtin pastanlarni hech nima aqmaydi bundan lekin. Hozir men naytimi qo'shilgan narsa nima desanglar, burun men bir narsa desam, Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining a'zolari qo'g'daydi meni haq bijnim desizchu. Hazır onun konu tüzek kerek kalmaptı. Halk özü sözləvatıdır. Şunun için bana bu halkның uyğunu şey, halk sükutunu buzgan günü bu şunda hatalık ötküzgende biz hatalık ötküzdükte boynunu eğişini bülüdü. Uğrunuzdan tulmuşsanız halkını düşküşlep abiyem Avustralya'dakinin avazını alğansınız halk bek nadancı mı, bek dörtçü mü? Ulan bilmeydi. O sen nimini mi sen? Halk bilmez sen nimini mi sen? Aşı dağın gelek halk orundan tuğha vaxtında ilgili daha bu yançı. Şunun için orundan turuş gerek. Doğal sonra mesela deyip için dolkuna hesap edip çıkartmaydı ekran kılmaya okşar. Soranlar pul tülgelde kalanın götürenler
Bundan sonra isler köteygen diyenmeydi o. Çünkü kokaydı bu halktan kokaydı bular. Şuna Erkin Asya Radyosu yeni biznimi medyasını aldatız edip keynide can bakıdı. Şunun için kılımız gayrinçin bu inkılapını kısak mı kılımız, kırmısak mı kılımız o yalkın tutuş oldu. İmzanı esli keltürvasak bir 10.000 imza jırviteyli anadikin körüsle 10.000 imzanın halkarada bu Şarkı Türkistan'ın 10 kantının yolunu kanda açıdığını. Kurultay üyürlük etmeyince bu. Hatırcam bulunlar. O kurultay üyürleydiyse onu zaten tutup aldığın Xitaylı var. Xitay demokratları. Ensirmanlar üyürün. Fakat beşimizden bir şüreyli bulanı. Xitay demokratlarının buyruğuyla bütün milletini yeteklep indigenous people kılışta bundan keyin hakkı yok. Şu. Kılımız inşallah inkılapını kılımız gelince. Tamam. Bu yerde bir cümleni koşup koyay. Mesela Facebook'larda ama siyasi konjektür deydiğim bir nersi var çok. Yani siyasi vaziyet. Facebook'larda mesela 2 yılın aldıda ya 3 yılın aldıda bana bir nersi dep koygan bolsaňlar ben köňlüm gelmeyme. Tamam Facebook men üçin fakat bir siyaset arenası. Men o yerdeki gapning hiç qaysyny şahsy almayman. Şunun üçin 2 yılın aldıda ben bir gap talışıp kalgan bolsaňyz Facebook'ta ya soquşup kalgan bolsaňyz ya men sizge bir nersi dep koygan bolsam siyasette unutuysiz. Konjektür almaşkanda unutuysiz. Yani unutup kalmaya birden bulan işler. Şunun için Facebook'ta bunda değişip kalan top, anla bu kalan ki mesela Uyguristan Azatlık Teşkilatı ile mani yüzüşüp kalan bulan unutuyuslar. Aşuytimiz onda yük oludu ki onlar nesler. Polemikini unutuyumuz. Prinsipte kaçmagan nesler olsa unutup birli minüş için özümüzü yenik tutuşumuz gerek, işimiz asılmaydı. Şunun için yeni bir devirge kirimiz Allah kalırsa bu şu 10 tarafını kilişip bir yerde ma'lum bir şekilnin içinde hepimiz koşulgan bir narsani şekillendirimiz. Ama en mühim narsa qarindoshlar bir o'ylab biqinglar bizning bir meclisimiz bo'lgan bo'lsa, bir surgundagi hukumatimiz bo'lgan bo'lsa, müşahidislarga bu surgundagi hukumatning huquqini bir sanavitday qaranglar. Bir Sharq Turkiston surgundagi hukumatimiz bo'lsa, bizning xalq e'tirof qilgan-jumi? Xalqning eng azda yerimi e'tirof qilgan bir surgundagi hukumatimiz bo'lsa, uning bizden bajirish huquqi bo'ladi, pasport besish huquqi bo'ladi, diplomatik munosabat qurish huquqi bo'ladi, armiya qurish huquqi bo'ladi surgundagi hukumatning. Qonunliq shaklda surgunda armiya qurish huquqi bo'ladi. Xalqaro qonunda bor bu huquq. Biz şu surgundagi hukumat degan narsani bir qamlashtirib olsak, bir xalq e'tirof qildiqi aslida bütün o'xshamaydi. Ya'ni siz agarda o'xshamaydigan fikrlarni o'zingizning ichiga akramsangiz, siz surgundagi hukumat bo'lanmaysiz. Siz nim bo'lsiz, tashkilot bo'lib qolasiz. Shuning uchun ba'zi eshiklarni ichish kerak, ba'zi yerlarni yepish kerak, taqash kerak. Bir yo'lini tepib Sharq ilg'i 2004-yili Amerika Cumhuriyetçiler Partisi Amerika'nın kongresining içinde bizga nima uchun qurg'izgandi Sharq Turkiston surgundagi hukumatini? Nima uchun qurg'izgandi? Aşını biz işçi teşhidin palaqşalığını çıkarıp etmegen bolsak, bugün armiyalarımız bopulmamdı bizden 20-nji yılda. Şunun üçün aşıyaga qaytışımız gerek. Aşı Sharq Turkiston surgundagi hukumatini xalqning e'tirof qildigan yeriga kelgan shaklda qilish uchun bir narsani unutmanglar. Hukumat ustidan ostiga qurilmaydi, ostidan ustiga quriladi. Buni qablashtirib olsak, Sharq Turkiston şu davanın 10 tarafı ben madalide benim deginimni qilinglar 5 yılda biz Tibet'e yetişimiz. Tamam. Eğer yani elbette bu yerde söhbetlişimiz, sözlüşümüz fakat bir yolga ketayotgan bir vizyonumuzni tushuninglar. Maqsadimiz Başımızdan soğuklarına cevap vermediniz Diler efendim. Yani siyaset oyunu. Yani siz inkılapçı mı, faaliyetçi mi, dernekçi mi, çelpeşçi diyen soru. Ben de cevap vereyim. Ben Uygur davasida burunilib ketgan davalarımızga aslında biz zimin davası işgalligini eslatadigan ve bu davanın 10 kanıtının yokluğuna isyan ko'tarayotgan
bir deymiz, bir inqilabçı, inqilab qilamiz aldida. Onun kaynidan o'ng sol shakllangandan keyin siyosiy arena shakllangandan keyin siyasetçi bo'lishga tirishimiz hepimiz. Siyaset oynaymiz o yerda. Mesela Dolkay İsa efendim dedim ben aktivist. Sen aktivist olsam ne işin var bu milletin başında? Aktivist oturamaydı ki yerine. Sen o yer çıkardım siyaset oynayışın gerek. Siyaset oynayamazsan demiş ki sen aktivistin. Şu bu koçuda namayiş kısmında aktivist gel. Şu hazır biz inqilablık bo'lgandan siyasi arenani shakllantiramiz. Solda turdi Allah, solda, o'ngda turdi Allah, o'ngda bir siyasi arenadan bağımız. Eğer sol taraf kemmise ama ümit, cesaret, ümit qeyrinishimiz degandek, o'ng taraf tushunib chiqib, bir yeriga tepki vaqtida, avlatgudek tepki vaqtida kilidi solchu bir yerga. Angacha kemmaydi ular, ko'z qilmaydi, yaratmaydi, so'zlaydi. Shunga ama o'ng tarafdagi qeyrindoshlar angliq bir-birimizni tushundigan hammamizning niyatining bir ish ekanligini en aldın forum koygan esasda diplomatik görüşlerini qilishimiz gerek. Diplomatik deb ketdim yani o'zaro suhbatlashadigan. Buni qilgandan keyin chiqdi. Shunga oldi bilan imzo muhim qarindoshlar. Bu imzo Dunyo Uyg'ur qurultayining nizomnomasidagi biz birdan bir degan xatni uchirib o'tib, biz faqat bir tashkilotga o'zgartib qo'ydik bu imzo. Shu imzo muhim. Buni toplaymiz. Karşı dostunu toplayımız, kollusunu toplayımız, bunu toplayımız ve 2 günde mıngdan işip ketkendi neymiş o? Yani bu biz için yani kılalaydıkemiz. Hazır közümüz yetti. Birden 4-5 mana çıktı dedik ya. Zaten 10 mana yıkılasa buldu o işimiz tügeydi. Dünya Uyg'ur qurultayını solga iştirip onun tarafta boşluk açıldı. Şunu kılımız bunu. Hoş. Ma balıqı bodaqçının bir gepi var. Uruq qo'y bilan semiz qo'y bir o'qo degan bag'inolmaydi. Cho'ng terakdan tuydi, kichik terak sog'inolmaydi. Ya'ni chunki suvni ichib oladi, bir yemni yeb oladi, uruq yaman doimo shu uruq qoladi. Ya'ni yo'lni bermaydi deydi. Hayvondagi tabiat bo'lgan bizdagi tabiatning shu o'zining aksini topganligi uchun o'ttirishdan chiqyotidi. Bo'lmasa sizning bir mahal Dunyo Uyg'ur qurultayiningki arkadan mangallıqınız yoki agish xarakterida ifodangizni ko'rsatganingizni ko'rgan bizlarda bir xil o'zgarish istiqom. Ama o ichki suhbat dialoglar jarayonidagi ko'rinish ekanligini keyin his qildik. Mening savollarim jiqida asli, ammo bugungi shu bag'ansir rishalashayotgan biz ota-onamiz, urug' tuqqanlarimiz deb bizga vatandagilarning dardini u falan pokun deb melangiz tanglayotgan iqimning mushu baloyi musibatga sabab bo'lgan ishlarga bilib bilmay xato qadamni biz tashlab biz mangab yana beshimizda dapchilayotganligiga qarab tallarim na titrab ketadigan stres oldu. Şun oxirgi yana bir savolim. Avrupa'da hozirga qadar bugungi cho'ng natijaga erishib boqmadi. Bugünküdek çok bijepte de berip lan aylanlarından bazen kararlarını çıkarışıkça sebep oldu deb haberden yazgın tutdu bazenler. Bu kadar çok ne jildim biri aran yakılan bir teşkilatla muhtir tutulan yoki uni sundurup qachon yetishib olsa siz zaten nemiş qilgan tanlar bugün dediniz nurg'un savollar var. Mening savolim nima desa mushundaq nuqtaga kelgan chog'ning o'zida siz bir qarshi tug'uvchi o'qituvchi bo'lib turib chiqib undan keyin xalqning taxmi diqqatini qo'zg'ab dunyo qurultayining taxmi bek tonilishi va taxmi bek nurg'un kishilarning qo'llashiga erishishni keltirish uchun kuchayapsiz qandaq? Yani teatr taktik oynatamsiz demoqchi. Mayan tarafdan chiqishingiz ehtimolli bormi? Mening savolim bu. Ne özemni qurbanlik berib qurultayni ko'tirayotamsiz demoqchi bu. Yani qurban narsani keyin yana ko'tarib oldi. Bunday bir narsani unutmanglar. Agarda deylik IBM şirketi olup Apple ve başkalar bo'lmagan bo'lsa, Amerikaning IBM şirketi bo'lgan bo'lsa, biz hozirgacha eski kompüterini taraştırıp urayotgan bo'lardik. Ama Apple ve başka şirketler çıktı ki raqobat paydo bo'ldi ve bugün biz en ilg'or telefonlarni ishlatyapmiz. Raqobat, ikki shirkat o'rtasidagi raqobat
her vaqt iste'mol qiluvchiga foydali. Chunki raqobat bo'lganda baho tushidi, sifat yaxshilandi. Siyosatdimi bir partiya va Xitoyga qaraqla, ikki partiya va Amerikaga qaraqla. Ikki partiya bo'lgan raqobatlashgan yerda xalq foydali. Raqobat bo'lmagan yerda xalq ziyon tortadi, Xitoylarning ko'p partiyasidek samirib, hammasi harom yeb yotadigan ish chiqadi. Bu bizning da'vodimiz shu. Birli tashkilot bo'lgan yerda sheriklashib ketadi, tesib ketadi, xalqqa javob bermaydi, daxilga yo'lab ketadi. Bunun kendinden öz bilgenini kılıp hata kısmı tanınmaydı ve bugün rıkabet yeni bir rıkabet olduğuna yeni bir nesli çıksa halk faydalıdır. Çünkü ikisi birbirinin hatalığını gösterdi. Tuncu qitim mesela Amanullah Kaşgari bizden taşqi işler mesulümüz Dolqun Aysa Efendim'in ağzıdan bu iş hata boptu degan gapni chiqarg'izdi. Sizlar anlab baqqan mı? Bizden davat bir adam çıkıp bu iş hata boptu biz kechirim so'raymiz deb baqqan bu. Kechirim so'raymiz deymidi, men xato deb qarayman dedi. Ya yani hata deb qarayman deb baqqan mı? Asıl kechirimni so'rash kerak, o hata olsa jinoyat emas edi u yerda. Yani burun anlab baqqan mıdıq biz bunu hata boptu, biz hata qildik degan gapni anlagan mı Ahmetcan siz bir ekranda uçuq yerda? Yo'q. Demek yaşlar kilovatıdı, yaşlar özgertidi bu davani. Bu davanın özgürdüğü yeri geldi. Texi men bu ertilikka aytirayman. Bu da programda asıl mustaqillik qanday olduğunu sözleşematimiz bu tema chiqib kelib. Bundaqı temada Sharqiy Turkiston masalasidan, yani bir davlat masalasidan qanday bo'lib bir indigenous people masalasiga aylanib ketdi bizning da'vo 20 yilda isbotlarini ko'rsatdi. İnşallah. Bunun eşkin takaraldım. Bugün asla takamlık ben rastlansam naştım saat 9'da. Sualla yamancak, lekin bana imkan şekilde yazılan suallarını çıkını soruşka imkan bulmadı. Yeni bir ahırkı sualını bana dikkatimi çeken bir sualdı. Hoş. 2009 yıl tayyor olan bu dokulat 19 yılda resmi BDT'ye sunulup kabul oldu. Sual şu ki, aralıktaki 10 yılda bu dokulatlar nerede kalgan idi? Xitoy resmi kamp qurib qirishga boshlaganda dokulat nemishqa BDTga olib kirildi. Ya bu bunda o dokulatning tunjisi 2008 ma tayyorlabdi. İkinci nüsxası 2009'da tayyorlabdi ve 2009'da bu BDT'ye sunulgan şu Rabia Qadir bilan yana birisi berib, yani biz bu hozir bilmaymiz deydi o bular biladi. Azmarjanmi Germaniyaga yana birisi Rabia Qadir BDTga olib sungan buni shu vaqtida. Onun kendinden, onun mesela Dolqun Aysa Efendim'in yana bir cevabı kızık. O vaxtida reis baş gitdi, ben başqa etdim, mening xabarim yo'q. Ya o vaxtdaki reis Mars'ning reisi sen Jupiter'ning başqa etmedin ya ishkinlar bir tashkilotning etmedinlar. Qanday xabaring olmaydi? Ya bir sonla ayning reisi, bir sonla quyoshning başqa etmemesi o'ytdinglar. Bir planetning o, bir tashkilotning. Shuning uchun buni qildi, bular o'zlari qildi beshini tatib. Apırıp sundu ve o 2 yıl fidakarlık qilib bizni butun xalqni indigenous people qildi, tariximizni inkor qildi, mustaqillik huquqimizni yo'q qildi. 12 yillik jafolikni bilan 2019 yilda bir shopda desanglar BDT'ning qo'shimcha yindiki NGO'larning chiqargan indigenous people'lar dunyodagi 270 milyon deb degan vaqtida şunun işçiye biz resmi kiriptik Uygurlar. Yani ikisi dokulat. 2009 yılı AU dokulatını sundu. 2019 yıldaki dokulat BDT'ye karşılık şunun belli işleydiğen NGO'larının çıkargan dokulatı. İkisi arılış ketip kaptığa sualda. Burayı Allah'ın başladığı ve asla kaçay. Ben sormakçı olan soru bu emesken bu Nesminallah kitap doğru kep kaptı. Aslında benim sormakçı olan soru, bayatın ben dikkatimi çeken sual neydi dese, bu Dünya Uygur Kurultayı eğer islahat ilip verip özüde. Şu indigenous people hatalıkını düzelse, müstakillik yolunu mansa, ulardan birleşemizler degen bir sual var idi. Kollamsızlar degendek. Dünya Uygur Kurultayı müstakillik yoluna manganmaydı. Baksa birleşimiz karan ben bundan ya. Dünya Uygur Kurultayı zaten
müstakillik yolu mansa ve özünü ıslah kılıp saylam kısa. Bu saylamga öktüç güçlermi hemiz kirelse pul vermegenlik kirmeyse emez. Hemiz kirelse zaten Dünya Uygur Kurultayı bizim siz anlardı diye. Yani eğer de Dünya Uygur Kurultayı özünü ıslah kıla alsa Ahmetcan ve öktüçüler o yerge kirelise ve Şarkı Türkistan müstakillik deyse zaten onun ismi Dünya Uygur Kurultayı bulmaydı. Onun ismi Şarkı Türkistan sürgündeki parlamento olurdu. Bu vaxtda ben onun işçiye kirib yer süpürüşke razı. Ve yer süpürüşke razı çak emas. Mesela bugün Şarkı Türkistan sürgünlük hükümeti ve sürgünlük parlamenti var mı? Eğer bu Şarkı Türkistan sürgünlük hükümeti halk itiraf kılgan halda parlamentinin işçide münazır kıla alaydıgan, okşamaydıgan göz karışlarını talaş tartış kıla alaydıgan sürgünlük hükümet olgan olsa ben onu men emez. Şarkı Türkistan yaşlar kurultaydı ki hemimiz oğlaş kirip biz yer süpürüşke razı olmuş içinde. Gelmiş noktada okşamagan karıştıkilerinin mesela erken ismi vermesek yaxşı olaptı, lekin biri özü degendikin. Mesela Erkin Sıdık, Erkin Ekrem, G'olam Osman, hemisi okşamaydigan noktalardaki buluşuga bakmay, bizden halkımızdan demokratiya ve erkinlik bunu o'sha saylan meselelerinde layıqlı toşmaydiganligini, seviyesinin töven bo'lganligi uchun buning to'g'ri mos kelmaydiganligini ilgari surgan fikrlari bor. Siz qanday javob berasiz bunga? Qarang, bu siyosatda bundaqcha ma'no tushundim var. Ticarette desmirimiz pul, nişan pul. Şuna akademiyada, bilim dünyasında desmirimiz bilim. Tamam mı? Siyasette desmirimiz halk. Ticarette pul neyim olsa siyasette halk şu. Demek eğer bu siyasi iş kirmen deyseniz bu dava aktivizm bile bulmaydı. Bizden dava siyaset, diplomatiya, askeri bilimler, coğrafya diğerler bile ne olurdu bizim işimiz için. Bu fizik, kimya bile bulmaydı. Şunun için eğer de bu iş kirmen diye adam ekranı çıkıp halkının aldığını münazır kılıp halkını kail kılanmışsa onun hemmisi pakpak. O doktor olamdı, yani bijlimisi olamdı, ayağından sünni oturup ottağın olamdı, sunukun olamdı, tansan olamdı, onun hemmisi pakpak. Çünkü bu işte halkının aldığını kıldığın iş. Bu karan, şunçalar halktan keçip жүрген dolku deyse efendimle Amerika'da bir sual cevap boğante, kanday oldu yakmam. Ya dibişka ekranına çıkmaysa, ekranına çık bir sual cevabı matkı etmedi, bu bal işini bilmeydi ki kıvıtanlar çok. Ben rastın desem, ihtiyatlayıp çıkarttım meydanға. Yoksa bu hataga koymaydı de. Bu bağımsızları körüp atmayın ki bu bizim davadım adamlarda seviye degan narsa yok ki. Bu bizim adamlarda ilgi palpayımız kördüş qag'az. Ya bunda bo'lsanglar, ilgi Abdurashid Qarliq ma'lumning bir gapi var. Qo'yni qaslab so'ymasa aram qilib qo'ydi degancha. O'sha indigenous people masalasi naq shu. Şu ishni biladigan mutaxassislar so'zlashib, shu ishni biladigan odamni beshig'i qo'ymay, inida kirib 5 ming dollar beradi desa ma'qul deb güldülab yezibasdan mushta aram qilib qo'ydi. Bütün milletni mushunda qiladi. Shuning uchun agarda Sharq Turkiston sürgündeki parlamenti amaysız degan qurultay isloh qilsa, mustaqillik desa ve öhtüç güçler hemimiz uya kirelse o zaten Şarkı Türkistan sürgündeki meclisi boludu mu, parlamento boludu. O vaxtda biz uya kirip minister bizde buluş arzuyumuz yok. Yer süpürüş razıyız eğer şu narsa şekillense. Bizim maqsadımız bu şu zaten. Halk itiraf qilgan bir meclis bizni mustaqil qildi qarindoshlar. Dünya Uygur Kurultayı qilmaydi. Yoki boshqalar qilmaydi. Faqat halk itiraf qilgan, xalqqa gapini anglata olgan o'xshamaydigan ko'z qarashdagi odamlar bir-birini munozara qilisha oladigan nima meclis bizni mustaqil qildi. U meclis shu Sharq Turkiston sürgündeki meclisi ya parlamenti. Hem de u yerda avtonomiyaga jurigini vergan, jurigini yoqqan, ba'zi solliq sizaqdan o'tib ketib Xitoy kommunistlarining ya Xitoy komendantchilarining
Küçük uçup ketkenler o mecliste bolanmaydı. Bunu deki. Burun boludu deyipti, hazır bolanmaydı. Kompartiya bekip çoğunkagan o adamlarının zihniyeti zaten Şarkı Türkistan devleti, yani ulusu, dünyadaki halk degen narsa onda anı yokken ki olada. Şunun için aval biz on tarafını retleyli, onun dikin kim kilonu kim kemmeydi, on meclisini şu tigidin urup durup, şahlarını tutap durup tigidin kuru dikenimiz. Hazır benim kulasem şu. Ve Dünya Uygur Kurultayı'nın biz akıdın Mahmudov, abaki gepimizi tüzdük koyay. Biz her kanda teşkilatlı söhbet koçuk. Biz her kanda teşkilatlı söhbet koçuk dedik ve Dünya Uygur Kurultayı'nın yeni bağdık bir yıl zaten bu indigenous people meselesini sözleşkili bağdık koyay. Başka meselelerden bu sözleşkili bağdık. Yani kanda kılıp halkının karşısında cidel çıkarmayı durup bu meseleyi hal kılımız dep bağdık. Lekin öyle popanlık, göz gelmezlikini kördük. Ve emdi halkta bir isim gelgende emdi bula öktücüler bu Xitayning adimiye bizning astandagi bölgünç unsurlar demek kanaqılay. Ve biz senin yanında bir yıl jügendi bölgünç unsur emas çaplashkuch unsurunu tuqu vaqtida. Şu vaqtda nimish tüzük paranglashmaysizlar. Men jig'inni gaqivasdan meni programmadan tepib chiqarib aytganinglarni unutib qoldinglarmi? Şunun için gaplar şu. Endi hazır nima desa u yerda o'tib ketdi. Hatta Dünya Uygur Kurultayı meslek şunda bir taktik beri, bir o'ylab beringlar. Ya biz indigenous people deb chiqqan vaqtimizda bunda qilib qo'yibdi degan programmadan keyin sizlar 1 gram siyosiy aql bo'lsa, bir jiddiy yig'indan birini ochsizlar. İşini biladigan Nuriy Turkaldan, Erkin Ekrem'den, Rukiye Turduş Hanım'dan, Nicat Turgun'dan so'raysizlar. Ma nima deydi Magoy deb. Desanlar bular deydi ki onun davatını to'g'ri. Sizlar vatanni setib oldinglar, xayrlik bo'ldinglar. Mustaqillikni to'sab bo'ldinglar deydi bular. Deganki bu yerda bir krizdan qanday qutulamiz deydigan bir narsa va siyosatda. Deganki qanday qilasizlar? Bunda qila olaytinglar. Chiqiblar ekranga biz bunun xatoligini biletdik. Biz bundan çekinmek istedik ama yaşlı aldıraqsan bolluq qilib, bular hayajon bo'lg'ashqa, bular aldırab taşıyıp qaldı xalqning oldiga, emniyeti biz çekinmek istedik degan bo'lsanglar, topni bizning vartag'a o'tardinglar. Aşinchilikmi aql yo'q keslardi kelqi menmenchilik daxingaylik bilan aşinchilikmi aql yo'q keslardi. Yoshlar hayajonlanib ketdi, demiş xalqning oldiga to'kidi. Biz bu xato narsani burun qilib ketdik, hozir chekinish oldida turib. Aldığımızdaki 6 ayda çekin ettikli diyen olsa biz resvalattık çok mu ketin? Ama unchilik aql mı yok ki bular? Hazırdaki Xitayning qo'li var bu yerda belki en ahirgi bu Xitoyning nimasiga tushdi bularchu. Aqmaydi qarindoshlar, aqmaydi. Shu xo'sh, unda qolsa men asta tushayay. Başlangandan tartib bugungi nuqtaga kelgisi bo'lgan aralıqda o'ttirib aytilayotgan iddialar, dalil, isbotlar, fikr tushunchalar, mantiqliq o'ttirib qo'yilayotgan bu taqdimlaringizdan insonlarimizning bog'liqi yo'q, mustaqil fikr qila oladigan aqli shu joyida insonlarimizning ko'pinchasining kallasidan o'tganligi ma'lum biz kelayotgan inkoslardan. Ammo do'konda ticaretler normal ketevatkan, mağavatkan bu işlerden az dolarlıkdek meşgulatı boğan, burunga qaragancha kun yaxshi o'tayotganlarning bu iş biraz baş ağrık tuyulup bizga nasihat qilayotganlari bor, besim qilayotganlari bor. Bizga tushyapti bu o'g'irlar. Albatta ekranda deyilayotgan so'zlarninki dalil isbotsiz bo'lmayotganligi, yolg'on so'zlagan bo'lsa bu oshkor bir maydon bo'lganligi uchun uning biz dazmol silib rangirib, osma qo'yib, osma kaydirib chiqarmagan naq bevosita gap bo'lganligi va hatto yolg'onni tutib naq maydonda telefon qilib sizga masalan yuzingizga uraladigan fursatda xalq olam oldida oshkor suhbat ilib berayotganligimiz uchun bizning ko'nglimizni to'q bo'ldi va qarindoshlarimizga biroz sabr qildi. 70 yildan oshgan bir da'vo lobbichiligi bo'lsa chet elda mangayotgan o'ttirib chiqqan natijaning bugungi e'tibori bilan endi to'xtab turinglar, ama yangi bolalarning, yangi chiqqan yoshlarning nima deydiganligini, nima ish qilayotganligini bir ko'rib olishga fursat berildi degan qanoat bilan ching turyapmiz hozir. Ig'ir bo'lmasa ig'ir besim bor.
Lekin Allah'tan başqa qo'rqinchimiz bo'lmaganligi uchun inshaalloh adaq chiqib turamiz. Ümidimiz shuki, bugun obatimga qarinishimiz sizga degandek, bugungi asrning bir islohchisi, xalqimizningki ikki asrdan beri davom qilayotgan mustamlik hayotiningki yangi bir qutuluş yüzünü açıdığan bir yeni hareketinin başlanışığı sebepçi bo'lib qolishingizni tushuntirishimizni umid qilamiz deb qarindoshlarimiz ushur yo'llabdi. Bizim shundoq deymiz, Fidoyilar ekran nomidan ko'rguchi qarindoshlarning nomidan. Ko'p rahmat. Kelar qatordan programda siz bu yerdan qayd qilib o'tgan programni taqozo qilamiz. Barliq ko'ruvchilarga va Ahmad Jafatov sizga ko'pdan ko'p rahmat. Allohga keyingi qatim ko'rishga Allohga emanet qarindoshlar. Bo'ladi, omon bo'ling. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz qarindoshlar, ko'rdinglar, angladinglar. Qolganni aql egisi bo'lgandan keyin hammalar o'zimiz o'yinni baqalaylik. Deyilayotgan so'zlar, o'tir qo'yilayotgan, tashlanayotgan paketlar g'arazsiz, maqsadsiz holat ketyapti. Dushmanlik nimaga bo'layotdi? Yoki maqsad haqiqatan hammalarning ko'zini qamashtirayotgan, yo'llari omadli bo'lib ketayotgan, butun dunyo e'tirof qilayotganda ko'rinayotgan qadrli tashkilotlar dünya uyg'urligini yo'qotishlarni nima bo'ladi? Tafsili bir insof bilan o'tirib o'ynab boqamiz qarindoshlar. Biz Fidoyilar ekrani bu ishni boshlagandan tortib amr ma'ruf nahiy munkar, ya'ni tashviqotning eng ona prinsipi bo'lgan bu. Ya'ni haqiqat oshkorlikdan qo'rqmaydi. Ondaq bo'lganligi uchun qilayotgan ishimizning hammasi oshkor, o'ttirdi. Bunun için yüzümüz inşallah iki dünya yoruk olduğunda işencimiz bilen ketyapmiz. Bizning taqdirimizdan, istiqbolimizdan, yana bir yerlerimizdan ensirayotgan yoki bizga kelgusininki la'natlik tarixiga mixlanib ketganlik qo'rqinchi bilan ustozlik qilayotgan qarindoshlarga assalomu alaykum. Vaqtning o'tishi bilan inshaalloh ko'rishimiz sabrchanlik bilan sizlarni kutinglar. Bizmi küteli degan nuqtaga qarab ketyapmiz. Arada albatta biz tigidin tortib bilishadigan, tigi suzuk, dili tuzuk, qalbi sog'lom, iymoni pok, durust qarindoshlarimiz bor. Ustozlarimiz bor, bizning burun ko'n peshqadamlar. Ammo nasib o'xshaydi qarindoshlar, bizga Allohning bildirgani, ko'rsatayotgani, minish nasib bo'layotgan yo'llar bu bo'layotdi. Buning uchun biz düşman emas. Düşman zaten aldığımızda turibdi. Ama düşmanga berish uchun to'sal qilayotgan narsalarni oldidan ilib tashlashimiz lozimkin. Buning uchun bugungi programmada taxminbek aniq oshkorlandiki, lagerlarda azoblanayotgan butun urush tuqqanlarimizdan bugungi qismatga duchor bo'lishi sababchi bo'lgan bir xatolik, siyosatdagi bir xatolikning dardini bugun derece ötüp takım içine çıkıyor. Bugün benim bedellerim tikelleşip gitti. Geplerimi kaçırtıyoruz arkadaşlar. Yani kaçan indigenous people degan isimli tizimlikten çıkıp ketmeydiken bu milletin öldürülgeninin kanının sorgu yok dediğin mandak bir basmıştaki bir narsa içildi bugün arkadaşlar. Ben belki bu şey aldığımda ekranda köygen qarindoshlarımın arasında en bilimi töven qarindoshlarım ben bo'lishim mumkin. Bunun ben kaydım benim hiçbir seviye cihetten hiçbir sonradan şimdi değişmeyeyim. Ama qo'limdan kelgan xizmatni qilib ketyapman. Bilimin ustun bo'lganki aziz qarindoshlar, men deyayotgan gapga yaxshi bir astoydil yurkinglar bilan millatning taqdirini o'ylayman, amini bilman deyotgan qarindoshlar. Kallangni bir silkib, qaytadan bir qarab boqing. Omon bo'linglar. İnşallah aldığımız günlerde yana tekrar görüşürüz. Hayatta bo'lganimiz, mücadelemiz elbette devam qiladi. Kurashlarimiz inshaalloh elbette devam qiladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.